İsmoil qaytib kelib, "Birarsi keldimi?" deb so'radi. Ayoli, "Ha, salopatlik bir mo'ysibit keldi" deb u kishini maqtab berdi. Ondan "Seni so'rgan edi, ahvolingni aytib berdim, turmushimizni so'rgan edi, yaxshi turayotganligimizni aytdim" dedi. İsmoil, "U kishi sana biror ishni tavsiya qildimi?" deb so'rgan edi. Ayoli, "Ha, u kishi sana salom aytdi va eshikning bosog'isini mahkam saqlashingni tavsiya qildi" dedi. İsmoil, "U kishi mening otam bo'ladi. Bosog'i degani sen bo'lasan. Otam meni sen bilan uy tutishga buyuribdi" dedi. Aradan yana ma'lum mezgil o'tgandan keyin İbrahim alayhissalom ularning yoniga keldi. İsmoil Zamzamga yaqin joydagi yo'g'on daraxt tubida yo o'qi yasavatdi. U otasini ko'rib o'rnidan turdi. Ota bola ikkisi quchoqlashib ko'rishdi. İbrahim alayhissalom, "Ey İsmoil, Alloh meni bir ishga buyurdi" dedi. İsmoil, "Alloh seni buyurgan ishni qil" dedi. İbrahim, "Menga yordam qilamsan" deb so'ragan edi. İsmoil, "Yordam qilaman" dedi. İbrahim alayhissalom, "Alloh meni ana avi yerga uy solishga buyurdi" deb igiz do'nglikning atrofini ishorat qildi. Ana shundan e'tiboran ikkisi Baytullohning o'rnini solishga boshladi. İsmoil tosh ekilib bersa, İbrahim tomni qo'piratdi. Tom egizliganda İsmoil bir toshni elib kelib İbrahimga qo'yib berdi. İbrahim alayhissalom tomni shu toshning ustiga chiqib qo'pirdi. İsmoil davomli tosh sunib berdi. İkisi bir tarafdan, "Ey Rabbimiz, amallarimizni qabul qilgin. Sen haqiqatanmi amin anglab turg'uchi va bilib turg'uchisan" deb duo qildi. Qurilish bitgandan keyinmi Baytullohni aylanib yurib bu duoni o'qigan edi. İmam Buxoriyning 3365-nomerli hadisida mundaq kelgan. İbrahim alayhissalom Hajar bilan o'g'li İsmoilni elib qo'yilga chiqdi. Ular bir tulum suv elib olgan edi. Hajar shu tulumdagi suvni ichsa, ko'ksi sutga to'latdi. İbrahim Makkaga yetib kelib, Hajarni yo'g'on bir tut daraxt tubida qoldirib qo'yib, uyga qaytdi. İsmoilning onasi uning ergashdi. Kadaqqa kelganda uning kaynidan, "Ey İbrahim, bizni kimga qo'yib qo'ysan" deb vaqirdi. İbrahim, "Allohga" dedi. Hajar, "Allohga topshirsang men rozi" dedi. Hajar qaytib keldi va tulumdagi suvni ichib, bolasini emitdi. Suv tukkanda birasini ko'rib qolarman degan umidda safoga chiqib, yenish qaragan bo'lsa-mu, hech kim ko'rinmadi. Vodiga inib tushib, Marvaga chiqdi. U necha qatim shunday qildi. Arada berib bolasiga qarab boqqan edi, bolasi xuddi o'lib ketadigandak ig'ir nafas olayotdi. Bu ahvolni ko'rgan Hajar joyida tura olmay, yana yugurgan peti safoga chiqdi va birasini ko'rarman degan umidda atrofga takror qaradi. Lekin yana hech kimni ko'ra olmadi. Bu ish 7 qatim takrorlandi. Yana bir qatim qarab boqishga tamshilib turganda tuyuqsiz bir ovoz anglandi. Hajar, "Agar yaxshi kishi bo'lsang bizni qutqizib olgin" dedi. Qarasa u Jibril ekan. Jibril alayhissalom topini bilan yerni kovlagan edi, suv etilib chiqdi. Hajar darhol suvning atrofini to'sdi. Abul Qosim sallallohu alayhi vasallam, agar u suvni o'z holi qo'yib bergan yoki uchimlab olmagan bo'lsa, Zamzam albatta yer ustida oqadigan buloq bo'lib ketadi dedi. Tabarani va Bazzarning ravilari sahih hadisning ravilar bo'lgan hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Haqiqatan jannatda hech qanday yo'choq yoki chak bo'lmagan bir qasr bo'lib, Alloh uni do'sti Ibrohimga manzil qilib tayyorlagan." İmam Buxoriyning 1339-nomerli hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musa alayhissalomga o'lim farishtasi avatilganda, farishtaning ko'zini qo'yib o'tdi. Farishta Allohga qaytib, "Meni o'limni xohlamaydigan bandangga avatibsan" dedi. Allah farishtaning ko'zini asli keltirib, uning qishiga qaytib berib aytganki, u kalining dumbisiga qo'lni qo'ysin, kalining har bir tal tuk uchun uning 1 yil umr beraman dedi. Musa alayhissalom, "Ey Rabbim, uningdan keyinchi" degan edi. Allah uningdan keyin o'lim bor dedi. Musa alayhissalom, "Ey Allah, undaq bo'lsa jinimni hozirla olgin, lekin seningdan so'raydiganim muqaddas zaminga, Baytul Muqaddasga bir tosh etib,
bir taş etim miqdori keladigan yaqin joyga dafn qilinsam dedi. Musaning qabrisi yo'lning chetidagi qizil qumliqning yonida bo'lib, agar men shu yerda bo'lgan bo'lsam, sizlarga ko'rsatib qo'yatdim. İmam Ahmad ve Bazzar'ның ravileri sahih hadisning ravileri bo'lgan hadisida buna ibareler kelgan. Ölüm periştisi, yani Azrail, kişilerinin yanıga aşkarı kiletti. Musa'nın yanıga mı şundak keliydi, Musa onu kaçatladı. İmam Bukhari'nin 3915. numaralı hadisida Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan mundak rivayet kılındı. Bir Yahudi bazarda mal setip atatdi, biri kelip meliga arzon baho qo'ydi. Yahudi Musa'ni bütün insanlardan tanlab payg'ambar qilgan zotning nomi bilan qasamki, bu baho bo'lmaydi dedi. Ansarilardan biri uning so'zini anglab qilib, kaçtiq birini soldi-da, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aramizda tursa, sen Musa'ni tilga olib qasam ichib otamsan dedi. Yahudi payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Abul Qasim, men amonlik olgan zimmi tursam, faloni nima uchun kaçtimga urdi?" deb da'vo qildi. Payg'ambar alayhissalom u Ansariydan, "Buning kaçtig'i nima uchun urding?" deb so'ragan edi. Ansariy u ikkisining orasida sodir bo'lgan ishlarni aytib berdi. Buni anglagan payg'ambar alayhissalom shunda g'azablandiki, g'azabi chiroyiga chiqdi. Ondan mundaq dedi: Peygamberlerini birinden evzel demanglar. Çünkü sür çalınganda Allah xalagan kişilerden başka bağlıq insan uşudun ketidi. Andın yana bir qatım sür çalınadi. En avval uşuğa keladigan kişi men boluman. Uşuğa kelip Musa'nın erişinin bir tarafını çıng tutup turganligini ko'raman. Musa kişiler bilan uşudan ketip, menden burun uşuğa kelganmi yoki tur kuni beyish qilingan hisob bo'lib, uşudan ketmaganmi? Bunisi ma'na ma'lum. Men hech bir kishini Yunus ibn Matta'dan yaxshi demayman. İmam Bukhari'nin 3395 numaralı rivayetinde İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin men Yunus ibn Matta'dan afzal deyişi yaxshi emas deb uning atasının ismi bilan tilga olgan. Abu Davudning sahih rivayetinde Abdullah ibn Ja'far radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerinin hakikaten men Yunus ibn Matta'dan afzal deyişi yaxshi emas degan edi. İmam Müslim'nin 2376 numaralı hadisinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Allah Taala mundaq deydi: Her qandaq bendemning özünü Yunus ibn Matta'dan yaxshi deb qarashi to'g'ri emas. İmam Bukhari'ning 3417 numaralı hadisida Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Davud aleyhissalamga kitabını o'qish shundaq yengillatib berilganki, u ulg'uni to'qishga buyurib qo'yib, ularning egar to'qimlari to'qilib bo'lishidan ilgari kitabını o'qib bo'ladi. U faqat o'z emgikiga tayanib yashaydi. İmam Bukhari'ning 3427 numaralı hadisida Abu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İki ayalning ikki balası bulup birinin balasını böre elip ketkeniki. Yani bir ayal böre balağını elip ketdi dese o ayal böre senin balağını elip ketdi deb jiderlişip Davud aleyhissalamning oldiga bardi. Davud aleyhissalam balani ularning yoshi cho'ng buyurib berdi. Ular bu yerdan chiqib Davud aleyhissalamning o'g'li Sulaymonga bu ahvolni ma'lum qildi. Sulayman aleyhissalam "Menga pichoq akilib beringlar, men bu balani o'ttirdan ikki qilib beray" dedi. Buni anglagan yosh ayol "Alloh sana rahim qilsinki, undaq qilmagan, bola uning bo'lsin" dedi. Buni anglagan Sulayman balani yeshib yosh ayolga buyurib berdi. İmam Bukhari'nin 3391 numaralı hadisinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Eyyub aleyhissalam yalang'och yunayotganda ustiga bir top oltin chigirtka tushgan edi. Eyyub ularning kiyimining ichiga o'sishga boshladi. Parvardigori uningga: "Ey Eyyub, seni bu oltin chigirtkadan behojat qilmadimmi?" deb nido qilgan edi. Eyyub: "Ey Rabbim, shundoq qilding, biroq men sening barakatingga muhtojman" dedi.
İmam Buxariyning 3431 numurluq hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Har qanday odam bolasi tug'ilgan vaqtida shayton uni nuqib qo'ydi. U bola shaytonning nuqishidan qattiq yig'lab ketdi. Shayton faqat Maryam bilan uning o'g'li Isa alayhissalomni nuqmagan. İmam Buxariyning 3431 numaralı hadisida Abu Hurayra bu oyatni o'qidi. Men haqiqatan uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'limda shaytondan panoh tilayman. İmam Buxariyning 3286 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Adam balaları tug'ilgan chaqda shayton u balaning ikki biqiniga barmoqni sanjib o'tadi. Lekin Maryamning o'g'li Isa tug'ilganda uning biqiniga barmoqni sanjiyman deb berib, bala amriga sanjib solgan edi. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Alloh taolo qiyomat kuni Isa alayhissalomdan: Ey Maryam, o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedim-mi deb so'raydi. Ondan uningga Rabbim sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lgan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undaq demaganligim sana ma'lumliq. Sen g'ayblarni nihoyat obdan bilasan degan javobni talqin qilib berdi. İmam Buxariyning 3443 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Maryam o'g'li Isaga dunyo va oxiratda eng yaqin kishi mendurman. Payg'ambarlar ona boshqa qarindoshlar bo'lib, garchi onalari boshqa bo'lsa-mu, dini birdir. İmam Ahmedning Merfu ve mevkuf rivayetinde her iki senedinin ravileri sahih hadisinin ravileri bulup Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Eğer mening ömrüm uzun bulup kalsa İsa aleyhisselam bilan görüşüşni ümit qilaman. Eğer menga ölüm baldır kelib kalsa sizlerden onun bilan görüşken kişi onunga mening salomimni yetkizsin. İmam Buxariyning 3441 numaralı hadisida Salim atası Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu'dan rivoyat qildi-ki, Abdullah mundaq degan: Allohning nomi bilan qasamki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrati Isoning o'ngini qizg'ish demidi, balki mundaq dedi: Men tushimda Ka'bani tavob qilayotgan chig'imda chochlari tuz, bug'doy o'ng, chechidan suv temib turgan biraylarning ikki kishining orasida ketayotganini ko'rib, kim bu deb so'rasam, menga bu Maryamning o'g'li Isa deb javob berildi. Ondan mangdim. Burilib qarasam, to'satdan qizg'ich o'ng, qovul, pudirchoch, o'ng ko'zi ko'r, ko'zi xuddi poltib chiqqan uzunga o'xshash bir kishini ko'rib, bu kim deb so'rasam, menga bu Dajjal deb javob berildi. Aranglardan Ibn Qatan uningga bek o'xshaydi. Zuhri mundaq degan: Ibn Qatan Xuza'a qabilasidan biri bo'lib, jahiliyat davrida yashab o'lgan edi. İmam Buxariyning 3438 numaralı hadisida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men Isa, Musa, İbrahimlarni ko'rdim. İsa'ning o'ngi qizg'och, chech qora, sho'lisi kang edi. Musa bo'lsa bug'doy o'ng, qovul, chochlari tuz, Afrikaning Daraza zuttiliklardek kishi idi. İmam Buxariyning 3437 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Isro kechasi osmonga elib chiqilganimda Musoni ko'rdim dedi va Hazrat Musoni mundaq sifatlab berdi: U bo'yi uzunroq, chech taralgan, xuddi Shanu alik Darazi kishiga o'xshaydi. İsa'ni ko'rdim. U o'ttiri bo'y, teni qizg'och, xuddi yilila munchidan chiqadigandak yuzlari paqirab turgan pokiz kishi edi.
İbrahimni mi gördüm? Men İbrahimga onun avladi içinden en oxşaydiginimen. İmam Müslim'nin 172 numaralı rivayetinde İsa ibn Meryem aleyhisselam öğür turup namaz okutuptu. Urve ibn Mesud Saqafi onunğa ammalardan bek oxşaydı degen. İmam Buxariyning 3396 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Isro kechisi to'g'riliq to'xtalib, yana mundaq degan. Musa bug'doy o'ng, xuddi shanulaliklardek egizbo'y bir edi. Bazılarının ravileri işençlik rivayetinde Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Her qandaq bir kişinin men Yahya ibn Zakariya'dan yaxshi deyish to'g'ri emas. Chunki u hech bir gunohni qilmadi va qilishni niyat qilmadi. Ebu Ya'la'nın ravileri işençlik rivayetinde Enes radhiyallohu anhudan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Peygamberler kabirlerinde ayet bulup ular namaz okuydu. İmam Buxariyning 3902 numaralı hadisida Ebu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Xizirning Xizir deb atılışının sebebi şu ki u birer daq yerde o'ltirib qolsa, u yer yeşillikka aylanib ketadi. Ebu Davud'un sahih rivayetinde Ebu Said Hudri radhiyallohu anhu rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerinin ba'sini üstün görmenglar degan. Şunun bilan bazı peygamberler hakkında bayanlar ve ularning fazilatları namliq bo'lib o'qilib bo'ldi. Alloh xolisa kelar qatimda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning fazilatlarini o'qiymiz. Allah hammanglarga eng güzel ahlaklarını nasip qilsin, payliq ilminglarni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullohi ve barakatuh. Ez qarındaşlar, anlavatqınlar Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'ul Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 8. tomi. Bugün okuyduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin faziletleri. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Ubey ibn Ka'b radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Men kıyamet günü peygamberlerinin imamı ve hatibi, şundaqla ularning şafaatçisi bolaman. Amma buningdan faxrlanib ketmayman. İmam Müslim'nin 521 numaralı rivayetinde Cabir ibn Abdullah Ansari radhiyallahu anhumadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Menden ilgari kimge berilmagan 5 xususiyat manga ata qilindi. Her bir peygamber öz qavmiga xos avatiladi. Men emik umum qilib avatildim. Manga olja nimetler alo qilindi. Olja menden ilgari bir kimga alo qilinmagan edi. Manga zimin pak ve mescid qilib berildi. Her qandaq bir kishi namaz vaqti bo'lgan yerda namoz o'qisa bo'ladi. Bir oylik musofadan kafirlarning dillari qo'rqinch selinish orqali nusrat ato qilindi va shafaat huquqi berildi. İmam Buxariyning 2977 numaralı rivayetinde Ebu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet qiladi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Men mol mazmunliq so'zlar bilan avatildim. Düşmanning qalbiga qo'rqinch tush bilan nusrat berildim. Tushimda menga zaminning xazinalarining ochiqishlari berilib, qo'limga qo'yildi. Abu Hurayra mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alemdan o'tdi. Sizlar mana endi zaminning xazinalarini qazotsizlar. İmam Buxariyning 4981 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet qiladi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Her qandaq peygamberge kishilarni qoyil qilgudek mo'jiza ato qilingan. Menga ato qilingan eng cho'ng mo'jiza Allah menga vahiy qilgan Qur'ondir. Men qiyomat kuni ergashkisi eng ko'p bo'lgan peygamber bo'lishimni umid qilaman.
İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mening rizqim nayzamning soyasi ostida qilindi. Dinimga qarshi chiqqanlar xor zabulliqqa qoladi." İmam Buxoriyning 3535-numurluq hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Men va boshqa payg'ambarlarning misoli mundaq. Bir odam chiroyli bir uy yasab, bir burchkida bir kesakning o'rnini bo'sh qoldirdi. Uy ichiga kirib aylanganlar ajablanib, mushu bir parcha kesak qo'yilib ketgan bo'lishi-chu deyishidi. Men ana shu bo'sh qolgan yerga qo'yiladigan bir tal kesakdirman. Men payg'ambarlarning tuganchisidirman." İmam Muslimning 197-hadisida Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Men qiyomat kuni jannatning darvozasiga kelib, uning ochilishini talab qilaman. Qarovul, sen kim deb so'raydi. Men Muhammad deyman. U darvozani sendan burun bir kimga ochmaslikka buyurilgan edim deydi." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men uchun vasila tilanglar dedi. Sahabalar vasila degan nima deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vasila degan jannatdagi eng oliy martabadir. Uningga faqatla bir kishi erisha oladi. Uning men bo'lishimni umid qilaman deb javob berdi. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xubdan namozini o'qib bo'lib, meni Badha degan joyga olib bordi. Ondan chambarsimon siziq sizib, meni ichiga o'ltirgandan keyin siziqdan chiqib ketma. Sening yaningga bir turkum kishilar keladi. Ularga gap qilma, chunki ular senga gap qilmaydi, dedi. Ondan o'zi bormoqchi bo'lgan yerga ketdi. Ko'p o'tmay, siyoqidan zangilarga o'xshaydigan bir to'p odam keldi. Ular mening yanimga keldi-yu, siziqdan olqib o'tmadi. Men ularning ne kiyim-kechaklarini, ne avratlarini ko'ra olmadim. Keyin ular payg'ambar alayhissalom tarafga qarab yurib ketdi. Men shu peti o'ltirdim. Kechining oxirgi qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yetib kelib, siziqning ichiga kirdi va yotamga beshini qo'yib uxlab qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam pushuldab uxlaydi. To'satdan oq kiyimlik bir to'p kishi paydo bo'ldi. Men undaq kelishgan odamlarni hech ko'rib boqmagan edim. Ular bizga yaqinlab kelib, ba'zilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bosh tarafida, ba'zilari oyoq tarafida o'ltirdi. Ondan o'zaro pishirilishib, biz hozirgacha bu payg'ambarga berilganlarning boshqa payg'ambarga berilganini ko'rib boqmadik. Bu uxlab qolgan bo'lsa-mu qalbi uyg'oqdir. Uning haqida bir misol keltiraylik deyishdi va mundaq misol keltirishdi. Bir qo'jidar qasr soladi. Ondan dasturxon tayyorlab kishilarni ziyofatga taklif qiladi. Kimki uning taklifini qabul qilsa, u g'ojdarning dasturxoniga daxil bo'la oladi. Kimki uning taklifini qabul qilmasa, g'ojdar uni jazolaydi. Ular ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyg'ondi va ularning nima deyishganligini angladim. Ularning kimligini bilamsan deb so'radi. Men Alloh va Allohning farishtalari biladi dedim. Payg'ambar alayhissalom ular farishtalardir. Ular keltirgan misolning ma'nosini bildingmi deb so'radi. Men yana Alloh va Allohning payg'ambari biladi degan edim. Payg'ambar alayhissalom uning ma'nosi mundaq: Alloh taolo jannatni bino qildi. Ondan bandilarini uning chaqirdi. Kimki uni qabul qilsa jannatga kiradi. Kimki uni qabul qilmasa, Alloh uni jazolaydi yoki azoblaydi dedi. İmam Buxoriyning 6632-numurluq rivoyatida Abdullah ibn Hisham radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Payg'ambar alayhissalom Umar ibn Xattobning qo'lini tutib turardi. Umar: "Ey Rasululloh, sen menga o'z nafsimdan boshqa har qanday narsadan suyumliksan" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, jinim ilkil bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, toki men sana o'z jiningdan bakrak suyumlik bo'lmoqcha imoning kamil bo'lmaydi" dedi. Umar derhal: "Allohning nomi bilan shaksiz qasam qilamanki, sen menga hozir o'z nafsimdan bakrak suyumlik" dedi. Payg'ambar alayhissalom:
"Ey Ömer, mana endi imanın kamil boldy" dedi. İmam Müslim'nin 2364-nji numurluk hadisinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhudan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: Muhammedning nafsi ilkil bolgan zatning nomi bilan mundaq qasam qilaman. Sizlarga shundaq kunlarim keladi-ki, meni bir qatim ko'rilishinglar sizlarga oilanglar va pul melinglardan suyimlikroq bo'ladi. İmam Müslim'nin 2814-numurluk hadisinde İbn Mesud radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her biringlarga birden jin emrah boluş üçün muakkal kılıngan dedi. Sahabeler "Sana şundaqmı?" dep sorgan idi. Peygamber aleyhisselam "Maňa şundaq, lekin Allah maňa yardım bergeçke o musulman boldy. Şoňa o meni faqat yaxşylyky buyurdy" dedi. Ebu Davud'un Hasan rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: "Kimki maňa salam yollaydy eken, meniň onuň salam qaytyrşym üçin Allah meniň ruhymny qaytyrdy." Tirmizi'nin sahih rivayetinde Enes ibn Malik radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kirgen güne hemme narsa yorup ketken idi. O vafat bolgan güne hemme narsa qaranguluşup ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tehi defni kılmay turup dillerimiz özgürüşki başladı. İmam Müslim'nin 202-nji numurluk hadisinde Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim hakkındaki Allah perverdigarım, ular yani butlar nurgun kişilerini azdırdı. Kimki men ergeşken eken o mening dinimdidir degan ayet bilen İsa aleyhisselam hakkındaki ey Allah, eğer ularga azap kılsan, ular sening bendileringdir. Ularning haligining tasarruf qilsan, menga hech ahaddi ta'arruz qilolmaydi, sana hech ahad ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ishdagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchdirsan degan oyatni o'qigandan keyin qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, ummatim" deb yig'lab ketdi. Buning bilan Alloh taolo "Ey Jibril, Muhammadning yoniga borgin. Halbuki Alloh uning olini obdan biladi. Onundan nimish yig'layotganligini so'ragan" dedi. Jibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoniga keldi ve nima uchun yig'layotganligini so'radi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Jibrilga yuqorqi so'zni aytdi. Alloh taolo "Ey Jibril, Muhammadning yoniga berib uningga biz seni ummating haqida rozi qilamiz, seni g'am qayg'u qoldirmaymiz" degan dedi. Allah hemmelerge Peygamber aleyhisselam'ın faziletlerinden ögünüşke ve güzel ahlaklık buluşka nasip kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ez qarındaşlar, anlayatqınыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zevaid namlı kitabının 8. tomu. Bugün okuyduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatları, çaşları, peygamberlik mühürü, sözleri, terlişi, şicaati ve ahlaklarına alakadar sahih hadisler. İmam Bukhari'nin 3547. numurluk hadisinde Enes ibn Malik radhiyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin boyu haddidan artıq egizme emas, pakarma emas, o'ttira boy idi. Rengi ap-aqma emas, buğday öňme emas, nurluq idi. Çeçi büdürme emas, tüp düzme emas, dolqunsuman idi. 40 yaşida Allah onunğa vahiy qildi. Mekke'de 10 yıl, Medine'de 10 yıl turdi. Allah'ın iradesi bilen 60 yaşdan aşqanda alamdan ötdi. Vafat bolgan çağda çaç ve saqaladaki aq 20 talma çıkmaydı. İmam Müslim'nin 2339 numurluk rivayetinde Cabir ibn Samura radhiyallahu anhu mundaq degen: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ağzı çoğun, közünün quyruq uzun ve soncuqi vijik idi.
İmam Müslimning 2330 numurluq rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning rangi nurliq bo'lib, badanidan chiqqan ter xuddi marvoyatdek edi. Manganda oldiga egilibroq mang'atdi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning olqinidimi yumshoq yipakni tutib boqmadim. Uning ididanmi xushpuroq anbarni yoki ifarni va yoki boshqa puroqni purab boqmadim. İmam Buxariyning 5905 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalomning chechi budirma emas, tuzma emas, to'lqinsimon bo'lib, mo'risiga tushib turadi. İmam Buxariyning 5903 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu yana mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chechi ikki mo'risiga tushib turadi. İmam Müslim'deki yana bir rivayette qulqining yarimigacha keladi deyilgan. Abu Davudning sahih rivoyatida qulqining yumshiqigacha keladi deyilgan. Abu Davudning hasan va sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chechi qulqigacha keladi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Ummahani radhiyallohu anha mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka ga kelganda 4 o'rim chechi bor edi. İmam Müslimning 2336 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Ahli kitob chochlarini o'stirib, uzun qo'yib beradi. Mushriklar bo'lsa, chochlarini o'ttirdan ikkiga ayirib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh tarafidan ma'lum shakl belgilanmagachga ahli kitobga muvofiq bo'lishni yoqtiradi. Shunga manglay chechini dastlab ahli kitoblarda qo'yib berdi. Keyin ikkiga ayiradigan bo'ldi. İmam Müslimning 2341 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oq chechi to'g'riliq so'ralgan edi. U mundaq dedi: Alloh uning chechiga oq tushirmadi. İmam Müslimning 2341 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Kishi choch va soqoldagi oqni yo'li versa yomon bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chechini bo'yamagan, uning livining ostida, chekisida va beshida ozg'ini oq bar edi. İmam Buxariyning 170 numaralı hadisida Ibn Sirin mundaq deydi: Men Abdaga bizda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chechi bor. U bizga Anas radhiyallohu anhudan qolgan degan edim. Abida men ilkimda dunyo va dunyodagi barliq narsalarning bo'lganidan ko'ra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir tal chechi bo'lib qolishini bak arzu qilaman dedi. İmam Müslimning 2344 numaralı hadisida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chechining oldi tarafi va soqoli oqarishga boshlagan edi. Maylisa ko'rinmaydi. Chochlari cho'lsa ko'rinib qoladi. Soqoli quyuq edi. Bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suyi qilish tekmidi deb so'ragan edi. Jabir yo'q, quyosh va oydek yumaloq edi dedi. Jabir yana mundaq degan: Men uning dumbisdagi kaptar tuxumi cho'nliqdagi payg'ambarlik muhrini ko'rgan edim. Muhrning rangi tinining rangi bilan o'xshash edi. İmam Müslimning 2346 numaralı hadisida Abdullah ibn Sarjis radhiyallohu anhu mundaq degan: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Uning bilan billa go'sht va non yoki sho'rpa ushlangan non yedim. Men: "Ey Rasululloh, Alloh sana mag'firat qilsin" degan edim. U mu "Alloh sana mag'firat qilsin" dedi. Ravi mundaq deydi: Men Abdullohdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen uchun mag'firat tiladimi deb so'ragan edim. U "Ha, sen uchunmi tiladi" dedi va bu oyatni o'qidi. Gunohing uchun ayol mu'minlar uchun mag'firat tilagin. Ondan yana mundaq dedi: Men Payg'ambar alayhissalomni aylanib o'tib, ariq tarafida to'xtadim va ikki mo'risning o'ttirisida turgan payg'ambarlik muhrini ko'rdim. U so'l tog'iga yaqinroq bo'lib, mushtdek cho'nliqda edi. Badanda sugalga o'xshash manglari bor edi. İmam Müslimning 2339 numaralı rivoyatida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu yana mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning og'zi cho'ng, ko'zining quyruqi uzun, so'njiqi vijikrak edi. Tirmiziyning rivoyatda zaifkin. Abu Davudning sanadi sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuddi do'ngdan tushayotgan odamdek oldiga egilibroq ma'atdi.
İbn Majahning sahih rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma mundaq degan: Sahabeler yol yurganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning orqa tarafini farishtalar bo'shtib berib, Payg'ambar alayhissalomning oldiga o'tib mo'natdi. İmam Buxariyning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zlarini dan qilib aytadiki, agar biror odam uning so'zlarini sanab olay desa, bemalol sanay olaydi. İmam Buxariyning 3568-numurluq hadisida Aisha radhiyallohu anhaning yana mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Abu Palani qaramamsan, hujramning yeniga kelib, men anlatib turib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan to'xtamay hadis bayon qildi. Men nafl namoz o'qiyotdim. Namozimni o'qib bo'lishdan ilgari ketib qoldi. Ulgurgan bo'lsam, uning radiya bergan bo'latdim. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'zni sizlarga o'xshash ariq-ariqdan qilmaydi. İmam Muslimning 2993-numurluq hadisida mundaq kelgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadis so'zlab berib, "Ey ujra egisi, yana Aisha, so'zimni anglagan. Ey ujra egisi, so'zimni anglagan" deydi. Aisha o chog'da namoz o'qiyotdi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin Urvaga mundaq dedi. Davomi yuqorqi hadis bilan o'xshash. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushunishlik bo'lish uchun bir so'zni 3 qatim qaytalaydi. Abu Davudning Hasan rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalomning so'zi ochiq bo'lib, anglaganligi odam tushunalaydi. İmam Buxariyning 6281-numurluq hadisida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, uning onasi Ummu Sulaym Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga terisidan silib beradi. Payg'ambar alayhissalom uning uyiga kelsa, ashu terining ustida yetib tushlik aram oladi. Payg'ambar alayhissalom uyqusidan uyg'onganda Ummu Sulaym Payg'ambar alayhissalomning silinish ustiga to'kilib qolgan choch va terlarni yig'ib bir shishig soladi va o'zining mushkamberga aralashtiradi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu o'lib ketish oldida o'z meytiga ishiltirgan xushbo'y moddaga onasining ashu mushkamberining aralashtirilishini vasiyat qildi. Uning vasiyati o'rindaldi. Ya'ni u mushkamber surilib kepallandi. İmam Muslimning 2331-numurluq rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Anam Ummu Sulaymning uyiga kirdi va u bo'lmay qolsa, onamning o'rnida yetib uxlab qoladi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom yana Ummu Sulaymning uyiga kirdi. Ummu Sulaym uyda yo'q edi. Berib uning o'rnida uxlab qoldi. Ummu Sulaymga Payg'ambar alayhissalom sening uyingga kirib, o'rningda uxlab qoldi degan xabar yetkazildi. Ummu Sulaym darhol uyga qaytib keldi. Payg'ambar alayhissalom terlab ketganlik uchun ostidagi terining bir tarafi o'l bo'lib ketgan edi. Ummu Sulaym terini asta ilib Payg'ambar alayhissalomning terini aynak shishiga siqishga boshladi. Cho'chib uyg'onib ketgan Payg'ambar alayhissalom: "Ey Ummu Sulaym, nima ish qilyapsan?" deb so'radi. "Ey Ummu Sulaym, ey Rasululloh, teringning balalarimizga barakatli bo'lishini umid qilib, bu shishiga yig'yapman" deb javob bergan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yaxshi qilibsan" dedi. Yana bir rivoyatda kelishicha Ummu Sulaym mundaq degan: "Bu sening taring. Buning edi bakmi obdan bo'lg'achqa mushkamberlarimizga qaytib ishlatimiz." İmam Buxariyning 2627-numurluq rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Madinada tuyuqsiz qo'rqinchli bir ovoz anglandi. Payg'ambar alayhissalom Abu Talhaning mandub deb atiladigan etini o'tni ilib, atrofni chorlab kelish uchun minib ketdi. Qaytib kelib, ansurgidek ish yo'q ekan, lekin bu ot xuddi shamoldek bakmi uchqur ekan" dedi. İmam Muslimning 2307-numurluq hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng kelishgan, eng sehi, eng batur kishi edi. Bir kuni kechasi Madina xalqi qo'rqinchli bir ovozdan cho'chib uyg'onib ketdi. Bir to'p kishi ovoz chiqqan tarafga qarab atlandi va yo'lda Payg'ambar alayhissalom bilan uchrashib qoldi. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulardan burun ovoz chiqqan tarafga berib qaytib kelyotdi.
İmam Buxariyning 2908 numurluq rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan yana mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilarning eng yaxshisi va eng batiri edi. Bir kechasi Madina xalqi tuyuqsiz chiqqan ansiz ovozdan qo'rqib ketib, ovoz chiqqan tarafga qarab otlandi. Payg'ambar alayhissalom ovoz chiqqan tarafga allaqachon berib qaytib kelyotdi. Yo'lda ular bilan uchrashib qilib, "Ansirmanglar, ansirmanglar" deb vaqirdi. Payg'ambar alayhissalom Abu Talhaning etiga yovdaq minib olgan bo'lib, qilichini bo'yniga asib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom Abu Talhaning etini ko'rsatib turib, "Bu bakli uchqur ot ekan" dedi. Yana bir rivoyatda mundaq kelgan. Shu kundan keyin hech kimning eti u otning oldiga o'tolmadi. İmam Buxariyning 3560 numurluq hadisida Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki ishning birini tanlashda gunoh bo'lmaydiganli bo'lsa, eng aslini tanlaydi. Gunoh bo'ldigan bo'lsa, uningdan hammadan bak yiroq turadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi uchun o'ch elib boqqan emas. Faqat Allohning cheklamasi dafsanni qilinsa, u ishda Alloh uchun o'ch oladi. İmam Müslimning 2328 numurluq rivoyatida Aisha radhiyallohu anhaning yana mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida jihoddan boshqa vaqtda o'z qo'li bilan bir narsani yoki ayol kishini yoki xizmatchini urib boqmagan. İmam Buxariyning 6072 numurluq rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Madinaliklarning dedeklarimi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'lini tutib, uni biror ishni hal qildirib olish uchun xoliga yirik elib bora olaydi. İmam Müslimning 2316 numurluq rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Balalarga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rahimliroq birini ko'rib boqmadim. Payg'ambar alayhissalomning o'g'li Ibrohim onasi Mariya bilan birga Madinaning bir yesida turadi va shu yerda imitiladi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga boratdik. Payg'ambar alayhissalom uyga kirganida uy isiq to'lib ketgan bo'ladi. İbrahimning inikanisi tumirchi edi. Payg'ambar alayhissalom uyga kiribla İbrahimni qo'liga olib suyib ketadi. Ondan qaytib kelatdik. İmam Buxariyning 676 numurluq hadisida Asvad ibn Yaziddan mundaq rivoyat qilinadi. Men Aisha radhiyallohu anhadan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uy ichida nima ishlarni qiladi deb so'ragan edim. U oilasining xizmatida bo'ladi. Azan anglagan amon masjidga chiqib ketadi dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Aris ibn Jaz'i radhiyallohu anhuning men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ko'proq tabassum qiladigan birini ko'rmadim deganligi rivoyat qilinadi. İmam Müslimning 2309 numurluq hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xizmatini 10 yil qildim. U menga bir qatimmi vaysab boqmadi. Yoki qilgan ishimga nima ish bundaq qilding yoki bundaq qilsang bo'lmasmidi deb boqmadi. İmam Müslimning 2310 numurluq hadisida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom axloq jihatdan eng esili va eng kamil edi. U bir kuni meni bir ish qavatdi. Men Allohning nomi bilan qasamki bormayman dedim. Lekin ko'nglimda Payg'ambar alayhissalom buyurgan ish borg'im bor edi. Ko'chada o'ynayotgan bolalarning yoniga chiqdim. Payg'ambar alayhissalom arqamdan chiqib qo'lini beshimga qo'ydi. Arqam burilib qarasam, u kulimsirab turgan ekan. Menga: "Ey Anas, men buyurgan ish bordingmi?" deb so'radi. Men "Mana hozir mangdim" dedim. Allohning nomi bilan qasamki, Payg'ambar alayhissalomga 9 yil xizmat qildim. Lekin uning biror qitim bo'lsa-mu men qilgan bir ishqa nima uchun bundaq qilding deganini yoki qilmagan ishqa buni nima ishqa qilmading deganini bilmayman.
İmam Müslimning 2324-numurluq hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin Madina aholisining xizmatchilari suv to'ldiradigan qachalarni ko'tarib kelishadi. Payg'ambar alayhissalom oldiga keltirilgan qachalarning hammasiga bir-birlab qo'lini selib, ondan tortib oladi. Ular ko'pincha hollarda atiganlik sovuq havoda kelsimi, payg'ambar alayhissalom sovuq qaramay qo'lini sovuqchilaydi. İmam Buxariyning 6203-numurluq hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kishilar ichida axloqi eng yaxshi kishi edi. Mening Abu Umayr deb atilgan bir ukam bor bo'lib, u doim tumuchiqning bolasini tutib olib o'ynaydi. Payg'ambar alayhi salom uning yonidan o'tib qolsa, "Ey Abu Umayr, tumuchiqning bolasi nima qilyapti?" deb qo'yadi. Payg'ambar alayhissalom bizning o'yidagi chog'larda nafl namoz o'qimoqchi bo'lsa, ostki bisatni tozalashga buyurdi. Bisat tozalanib bo'lgandan keyin namozga turadi. Bizmi uning keyinida turadiq. U bizga imom bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Majma'uz Zawaid namlı kitabının 8-ci tomu. Bugün anlayacağınızlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin başka sıfatları. İmam Buxariyning 2125-numurluq hadisida Ata ibn Yasardan mundaq rivoyat qilinadi. Men Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma bilan uchrashib qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Tavratni kisibtilmoq so'zlab bersang degan edim. U mundaq dedi: "Bo'ladi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Tavratda cho'qim Payg'ambar alayhissalomning Qur'on Karimdagi ba'zi sifatlari bayon qilingan. Uning Tavrat kisibti mundaq: Ey Payg'ambar, biz seni haqiqatan guvohchi, bisharatchi, ogohlantiruvchi va arablarning dinini qo'g'dovchi qilib avatdiq. Sen mening bandam va rasulimsan. Seni mutawakkil, Allohga tavakkul qilguvchi deb atadim. Men avatgan u payg'ambar axloqsiz, qo'pol, bozorlarda so'ran solg'uchi emas. U yomonlik qilganlarga yomonlik qilmay, afu qilib o'tadi, ularni kechirib o'tadi. Toki azg'un xalq bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q deb iymon etib, haqiqatni ko'rmas ko'zlari, anglamas quloqlari, pechatlangan dillari ashu so'z bilan echilmoqcha Alloh uni vafot qildirmaydi." İmam Buxariyning 3866-numurluq hadisida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq degan: "Atam Ömer birer ish to'g'riliq birer faraz qilsa, farazi chuqum to'g'ri chiqadi. Bir kuni Ömer bir yerda o'ltiradi. Uning yonidan kelishgan bir odam o'tdi. Ömer farzim xato chiqmasla bu odam ya jahiliyat davridagi din ekan yoki hozir jahiliyat dindi bo'lmasimi, ilgari jahiliyat dindiklarining kahini ekan. U odamni elib kelinglar dedi. U odam chaqirib kelingandan keyin Ömer o odamga yuqori so'zlarni qildi. U odam achchiqlanib, musulmon bir odamga bunday so'zlarni qilganligini hech ko'rib boqmagan edim dedi. Ömer, sana keskin buyruq qilaman, ochiq gap qil degan edi. U odam, haqiqatan men jahiliyatda ularning kahini edim dedi. Ömer o odamga, jining sana elib kelgan xabarlarning eng hayron qolarlik qaysi edi dedi. U mundaq dedi: "Bir kuni bozorda turatdim, jinim keldi. U bir narsadan qo'rqayotgandek ko'rdim. Anda mundaq dedi: Qaramamsan, jinlarning gangirab qilayotganini, butunlay o'zgarib umid uzayotganini, to'gi bilan to'qimlarni jabdib islomga ketayotganini." Buni anglagan Ömer mundaq dedi: "Bu odam rost aytdi. Men ularning butlarining yanida uxlayotdim. Bir odam mo'zaydan birini elib kelib butlarga atab bo'g'izladi. Dal shu chog'da men hech qachon anglab boqmagan bir chirqiroq ovoz anglandi. U ovoz mundaq degan edi: Ey uyatsiz, bu nijotlikqa erishtirgan ish. Fasohatlik bir odam la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa haq iloh yo'q da'vosidir. Bu so'zni anglab o'rnidan dast turib ketdim. Nima ish bo'lganini anqirib bo'lguncha bu odam payg'ambardir degan gap paydo bo'ldi."
Tabaranining Al-Kabirdagi raviylari ishonchli rivoyatida Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Zayd ibn Su'nar Allohning irodasi bilan islomga kirgandan keyin mundaq degan: "Men Muhammad alayhissalomning yuzida payg'ambarlikning hamma alomatlarini ko'rib yetgan edim. Faqat ikki alomatni ko'ra olmadim. U bo'lsa-mu tamkinlik, tantaklikni besib tushish va tantaklik bilan muomala qilganlarga texim tamkinlik bilan muomala qilish edi." Bir kuni Hazrat Ali bilan hujurlardan chiqib keldi. Bir arabiy uning oldiga kelib: "Ey Rasululloh, mening qavmim islomga kirgan edi. Men ularga islomga kirsanglar rizqinglar mo'l bo'ldi degan edim. Lekin ular qahatchilik uchirdi. Ular islomga tamam qilib kirganlik uchun qahatchilikni ko'rib islomdan yenilishdan ansirayman. Ularga yordam bo'ladigan bir narsa bersang, men ularga yetkazib beratdim" dedi. Payg'ambar alayhissalom birining yuziga qaradi. "Mencha u Ali bo'lsa kerak. U Ey Rasululloh, bergidek bir narsa qolmadi" dedi. "Men, ey Muhammad, palonchining big'idan chiqadigan quvomning ma'lum miqdorini men oldin sotamsan degan edim." Payg'ambar alayhissalom bo'ladi, biroq palonchining big'idan chiqadigan xurmo deb bog'ni muayyanlashtirmayli dedi. Men bo'ladi dedim. Shuning bilan men kelishgan xurmo uchun payg'ambar alayhissalomga 80 misqal oltin oldim berdim. Payg'ambar alayhissalom oltinni mendan elib el qadamga tutqizdi va buni elib xalqinga odillik bilan tarqatgan ham ularga yordam qilgan dedi. Mühlet o'tishdan 2-3 kun burun payg'ambar alayhissalom Abu Bakr, Ömer, Osman va boshqa bir turkum sahobalar bilan birga chiqib keldi. Jinoz namozini o'qib bo'lib o'ltirish uchun tam to'yib keldi. Men uning yaktikiga eslib turib qattiq qo'ymaydimda: "Ey Muhammad, mening haqqimni bermamsan? Allohning nomidan qasamki, Abdul Muttolib jamoati hamisha kishilarning haqqini berishdan mushunaq so'ralmanlik qiladi" dedim. Ondan Ömerga qaradim. U menga o'pkada qizargan holda bir qarab o'tgandan keyin: "Ey Allohning dushmani, payg'ambarga shundoq muomala qilamsan? Agar bu yerda Allohning rasuli bo'lmagan bo'lsa, qilish bilan kallangni chepib o'tgan bo'lardim" dedi. Halbuki payg'ambar alayhissalom intayin temkin va salmoq edi. U Ömerga: "Ey Ömer, biz buningdan boshqacharoq muomalaga muhtojmiz. Masalan, meni haqning haqqini vaqtida va to'liq berishga buyurgan. Bu odamnimi haqqini chiroyli so'rashga undigin. Ey Ömer, berib uning haqqini bergin. Uni qo'rqitganliging uchun 20 sa xo'rim ortiq ber" dedi. Ömer meni elib berib, haqqimni to'liq bergandan so'ng 20 sa ortiq xo'rim berdi. Men: "Ey Ömer, nimishqa ortiq bersan?" deb so'rasam, Ömer: "Payg'ambar alayhissalom ortiq berishni buyurgan edi" dedi. Men: "Ey Ömer, men tunimsan" dedim. Ömer: "Yo'q" dedi. "Men Zayd ibn Su'na bo'laman" dedim. Ömer: "Yahudilarning olim Zaydmi?" deb so'radi. Men: "Ha" dedim. Ömer: "Undaqda nima uchun bundaq qilding?" deb so'radi. Men: "Payg'ambarlik alomatlarining hammini uning yuzida ko'rib olgan edim. Faqat ikki alomatni ko'ra olmadim. U bo'lsa-mu tamkinlik, tentaklikni besib tushish va tentaklik bilan muomala qilganlarga texmi tamkinlik bilan muomala qilish edi. Mana endi unim ko'rdim. Ey Ömer, seni guvohchi qilamanki, men Allohning parvardigor ekanligiga, islomning haqiqiy din ekanligiga, Muhammadning payg'ambar ekanligiga iymon keltirdim. Men seni guvohchi qilamanki, mol boyligimning yerimni Muhammad ummatiga atib etdim" dedim. Ömer: "Ümmetning bir qismiga atag'in, chunki ularning hammasiga yetkazib bo'la olmaysan" dedi. Men: "Undaqda bir qismiga atay" dedim. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ondan Ömer bilan Zayd payg'ambar alayhissalomning yoniga bordi. Zayd payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib: "Men Allohdan boshqa hech ma'budning yo'qligiga, Muhammadning Allohning bandasi va elchisi ekanligiga guvohlik beraman" deb ishorat qildi. Deb shahodat aytdi. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar alayhissalomga iymon keltirdi va uning ishondi. Shuningdan keyin Zayd payg'ambar alayhissalom bilan nurg'un g'azotlarga qatnashib, Tabuk g'azotida qahramonlar shahid bo'ldi. Alloh Zaydga rahmat qilgay. Tabaranining Al-Kabirda rivoyat qilgan hadisida Muhammad ibn Ka'b Quraziydan mundaq rivoyat qilinadi. Ömer ibn Xattob masjidda o'ltiratdi. Bir odam uning yonidan o'tib ketdi. Biraylan: "Ey mo'minlarning amri, bu o'tib ketgan odam tunimsan" deb so'radi. Ömer: "Kim u?" degan edi. U odam: "U Savdat ibn Qarib bo'ladi. U Yamanlik bo'lib, ularning eng hurmatli kishisidir. Bu odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelishidan oldin xabar bergan edi" dedi. Ömer: "Uni yanimga akilinglar" dedi. U odam chaqirib kelindi. Ömer: "Sen Savdat ibn Qaribmi?" deb so'radi. Savdat: "Ha" dedi. Ömer: "Payg'ambar alayhissalomning kelishidan oldin xabar bergan senmi?" deb so'rgan edi. Savdat:
Shundoq dedi. Ömer, yana kahirlik qilyapamsan deganda Savat bakm ochiqlandi va ey mo'minlarning amiri, men musulmon bo'lgandan beri hech kim menga bunday gapni qilib boqmagan edi dedi. Ömer, subhanalloh, bizning jahiliyat davridagi shirik aqidamiz sening kahirligingdan ig'ir ahvolda edi. Bu so'zning ochiqlanib ketgidek nimasi bor? Qani aytqina, payg'ambar alayhissalomning keldiganligidan qanday xabar topgan eding dedi. Savat, bo'ladi aytib beray. Bir kechasi mingdab o'ltirsam, jinim yanimga keldi va puti bilan meni turtib turib, "Ey Savat, o'rningdan turgin. Agar aqling bo'lsa, so'zlarimni obdan o'ylangin. Luay ibn G'olib jamoatidan bir payg'ambar avatildi. U Alloh va uning ibodat qilishga da'vat qilyotdi" dedi. Ondan bunu she'rni o'qidi. Hayron qoldim jillarning o'g'irliqcha tingshig'iniga, oq tugilarning to'qimlarini to'qig'iniga, Makkaga hidoyat uchun intilginiga, jinning obdini o'xshamaydi nejislarga. Atlanğın sənmə Haşimның sap əvladığa, közlərini tikkin onun çoqqısığa, mən onun sözlərə qulaq salmadım. Beşimni götürüb qarapmı qoymadım və bəkmi uyqum var, meni uxlağıl qoy dedim. O cin ikinci keçisim gəldi və meni putu bilan tutub durub, "Ey Savat, mən sana o'rningdan turg'in. Agar aqling bo'lsa, gapni obdan o'ylangin demaganmidim?" dedi də, bunu she'rni o'qidi. Hayron qoldim jillarning izdiginiga, oq tugilarning to'qimlarini to'qig'iniga, Makkaga hidoyat uchun intilginiga, jinning rostchili o'xshamaydi kazzoblariga, otlangan Sammo Hashimning sap avlodiga, bosh bo'lg'ini o'xshamaydi orqada qolganiga. Men yana uning so'zi quloq solmay beshimni chumkab uxlaverdim. 3-kechasi yana keldi va meni puti bilan turtib turib, "Ey Savat, men sana o'rningdan turg'in. Agar aqling bo'lsa, gapni obdan o'ylangin demedimmi?" dedi de bunu she'rni o'qidi. Hayron qoldim jinlarning uchurlariga, oq tugilarning to'qimlarini to'qig'iniga, Makkaga hidoyat uchun intilginiga, jinning mu'mini o'xshamaydi kafirlariga, otlangan Sammo Hashimning sap avlodiga, qadam besib tepliklariga ham soyilariga. Shuning bilan qalbimda islom muhabbati uyg'ondi. Zo'q va hayajon butun vujudimni chirmab olgan edi. Tong yo'rganda ulug'imni tayyorlab Makkaga qarab yo'l oldim. Yerim yo'lda payg'ambar alayhissalomning Madinaga hijrat qilganligini anglab, udul Madinaga yetib keldim va payg'ambar alayhissalomni so'radim. Uning masjid ekanligini aytishdi. Masjidga kirib, to'gamni bir buloq to'xtatib qo'ydim. Qarasam, payg'ambar alayhissalom jamoatning orasida o'tirgan ekan. Men, "Ey Allohning rasuli, so'zlarimga quloq solgin" dedim. Abu Bakr Rasulullohga yaqinroq kelgan dedi. Men yaqinlashib berib, uning oldiga kelib, payg'ambar alayhissalom kelib qoldim. Payg'ambar alayhissalom, "Qani aytdi, jining sana nimalarni dedi." Men uningga bunu she'r bilan javob berdim. Tursam chala uyquda keldi menga jinim. Bundan burun so'zlamagan edi, u hech yolg'on. Keldi u da 3 kecha Luay ibn G'olib pushtidan chiqdi bir payg'ambar deb xitob qilib, shu an peshlarimni turib, otlandim yo'lga cho'lbayavallar ara. Guvohlik beramanki, Allohdan o'zga parvardigor yo'qdir. Sen hamma g'ayib topshirilgan amin payg'ambarsan. Sen hamma payg'ambarlarning Allohga eng yaqinisan. Ey pak isl zotlarning farzandi, farmon qilg'aysan bizga sana kelgan vahiyni. Ey payg'ambarlarning eng afzali, buyuravergin gar chachlarimni oqartibasmi? Sendan boshqa shafaatchilar yo'qkunda, qilg'aysan menga shafaat ey rasul. Payg'ambar alayhissalom va sahobalar mening musulmon bo'lganligimdan intayin xushal bo'lishdi. Ular xushallik yuzlaridan ifodalanib turadi. Bu so'zlarni anglagan Hazreti Ömer o'rnidan dast turib, uni quchoqladi va "Bu so'zlarni sendan anglashni bakmi xohlaydim" dedi. İmam Buxariyning 4553 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Abu Sufyan ibn Harb uningga o'z og'zi bilan mundaq deb bergan. Payg'ambar alayhissalom bilan aramizda Hudaybiya sulhi tuzilgandan keyin tijorat uchun Shamga bordim. Dal shu kunlarda payg'ambar alayhissalom Rumning podshohi Herakliga avatgan maktub yetib keldi. U maktubni Dihiya Kelbiydan yo'llagan ekan. Maktub avval Busra amiriga u yerdan Herakliga yetkazilibdi. Maktubni ko'rgan Herakli bu yerda o'zini payg'ambar deb olgan odamning qavmidan birarsi bormi deb so'rabdi. Qo'l ostikilari bor debdi va meni bir nechta Quraysh bilan o'rdiga chaqirdi. Heraklining huzuriga kirdik. U bizni oldiga o'ltirg'izib, "Qaysinglarning nasabi payg'ambarlik da'vos qilgan u odamga eng yaqin" deb so'radi. Mening nasabim eng yaqin dedim. U meni oldiga o'ltirg'izib, hamrohlarimni mening orqamda o'ltirg'izdi. Ondan tarjimonga mundaq dedi. Ular, ya'ni hamrohlarimga aytqinki,
Men buningdan, ya'ni mendan o'zini payg'ambar deb olgan u odam to'g'riliq ba'zi savollarni so'rayman. Agar bu odam yolg'on aytsa, bular menga darhol bildirsin, dedi. Allohning nomi bilan qasamki, yolg'onchi deb nom ilib qilishdan ansirmagan bo'lsam, u kun albatta yolg'on aytatdim. Shundoq qilib, Herakli mendan savol so'rashga boshladi. U payg'ambarning nasabi qandoqroq? Uning nasabi esil. Ota-bobolarning ichida podshoh bo'lganlar bormi? Yo'q. U payg'ambarlik da'vosi qilishdan ilgari uni yolg'onchilik bilan qaralab qolmadinglar? Yo'q. Uningga yuqori tabaqadagilar ergashyotamdi yoki to'van tabaqadagilarmi? To'van tabaqadagilar ergashyotadi. Uning ergashganlarining soni ko'payotamdi, aziyotamdi? Ko'payotadi. Uning diniga ergashganlarning ichida dinni yoqtirmay yenib olganlar bormi? Yo'q. Uning bilan urush qildinglarmi? Qildik. Qaysinglar g'olib keldinglar? Ba'zida u g'olib keldi, ba'zida biz. U ahdini buzamdi, buzmaydi. Ammo hozir aramizda kelishim bor. Bu qatim uning kelishimni buzadigan yoki buzmaydiganligini bilmaymiz. Abu Sufyan mundaq deydi. Bütün suhbat ichida faqat mushu bir jumla so'zini qistira oldim. Uningdan burun aranglarda payg'ambarlik da'vosi qilgan biror kishi bo'lganmi? Yo'q. Herakli tarjimoniga mundaq dedi. Uningga aytganki, men sendan uning nasabini so'rasam, sen uning nasabining esil ekanligini aytding. Payg'ambarlar shundoq esil nasablik bo'ladi. Ondan uning ota-bobolaridan podshoh chiqqan yoki chiqmaganligini so'rasam, podshoh chiqmaganligini aytding. Agar chiqqanligini aytgan bo'lsang, men u ota-bobosining podshohligini talab qilib o'tibdi degan bo'latdim. Ondan uningga ergashayotganlarning yuqori yoki to'van tabiiy kishilar ekanligini so'rasam, sen to'van tabiiy kishilarning ergashayotganligini aytding. Her qanday payg'ambarga eng dastlab ana shunday to'van tabiiy kishilari ergashidi. Ondan uning payg'ambarligini e'lon qilishdan burun uni yolg'onchi deb qaralgan yoki qaralmaganliklarini so'rasam, unda qilmaganliklarini aytding. İnsanlarga yolg'onchilik qilib boqmagan biri Allohga albatta yolg'onchilik qilmaydi. Ondan uning diniga ergashganlar orasida dindan yanmanganlarning bor yo'qligini so'rasam, sen yo'qligini aytding. İman degan ko'ngil qanoati bilan qalbga singib kirsa, osonlikcha qaytib chiqmaydi. Ondan uning ergashkichilarining ko'payayotgan yoki azayotganligini so'radim. Sen uning ergashganlarining kundan-kun ko'payayotganligini aytding. İman degan ana shunday kuchayib mangadi. Ondan uning bilan urush qilgan yoki qilmaganliklarini va urush natijasining qanday bo'lganligini so'radim. Sen urush qilganliklarini va birda yengib, birda yengilganliklarini aytding. Payg'ambarlar ana shunday sinoqlarga duch keladi, lekin natijada ular yengib chiqadi. Sendan yana uning ahdidan buzadigan yoki buzmaydiganligini so'radim. Sen undaq qilmaydiganligini aytding. Payg'ambarlar shunday ahdiga vafodor keladi. Oxirda sendan aranglardan burun payg'ambarlik da'vosi qilgan birarsining bo'lgan yoki bo'lmaganligini so'ragan edim. Sen undaq birining o'ttirga chiqmaganligini aytding. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, men uni shu burunqi odamni do'rab o'ttirga chiqqan odam ekan deydim. Ondan Herakli mendan, u sizlarni nimalarni qilishga buyuruydi deb so'ravdi. Men namoz o'qishga, zakot berishga, xish aqrabolarga sizlar rahim qilishga, iffetlik bo'lishga buyuruydi dedim. U aytganlaring rost bo'lgan bo'lsa, u cho'qim payg'ambar ekan. Uning, ya'ni payg'ambarning keldiganligidan xabarim bor edi, lekin uning sizlardan chiqib kelishidan o'ylamagan edim. Agar uning qishga yetib bora olsam, cho'qim yuz ko'rshatdim. Agar yuz ko'rsha olsam, uning putlarini yuyib qo'ygan bo'latdim. Shunisi muhaqqaqki, uning saltanati mening oyog'im ostidagi tuproqlarga yetib keladi dedi. Ondan u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maktubini akilib o'qishga boshladi. Maktubda mundaq deb yozilgan edi. Nihoyat mehribon va shafqatlik Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning bandasi va elchisi Muhammaddan Rumning kattasi Herakliga to'g'ri yo'lga ergashganlarga salom. Endi maqsadga kelsak, men seni islom diniga da'vat qilaman. Musulmon bo'lsang aman qolasan. Alloh sen qo'shilib savob beradi. Musulmon bo'lmasang, butkul xalqingning gunohi o'z gunohing bilan birga sana yuklanadi. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudi va Nasoralar, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar degan. Maktub o'qilib bo'lgandan keyin o'rtada g'ulg'uli ko'tarildi. Biz Heraklining buyruqi bilan sirtqa chiqib ketdik. Sirtqa chiqqandan keyin hamrohlarimga uning payg'ambar alayhisalomni ne demoqchi?
Uning ishi ching'i chiqqil turdi. Bu siriq Bu seriqlarning podshoyi Heraklimi uningdan qo'rqishga boshlabdi dedim. Shuningdan toki Alloh meni islom diniga kirishga muyassar qilgan qadar payg'ambar alayhissalomning g'alaba qildiganligiga ishonib keldim. Zuhriy mundaq deydi. Keyin Herakli Rimning arboblarini bir saroyga yig'ib, "Ey Rim kattalari, ta abadgacha najotlikka erishib, to'g'ri yo'lga minishni, mulkinglarning omon-eson qilishini xohlamsizlar?" deb so'radi. Ular xuddi yov eshaklardek ikki tarafga qarab qochishga boshladi. Vaholanki eshiklar tahoqliq edi. Herakli ularning yoqtirmaganligini ko'rib, iymon etishidan umidlandi-da, "Men u savolni sizlarning o'z dininglarda cho'ng turadigan yoki turmaydiganliklarini sinab beqish uchun aytgan edim. Amaliyotda dininglarda cho'ng turadiganliklarini ko'rdim" dedi. Shuning bilan ular Herakliga egilib ta'zim qildi va uningga bo'lgan mamnunligini bildirdi. İmam Buxariyning 7-numurliq rivoyatida mundaq kelgan. Abu Sufyan mundaq degan. Shuningdan tortib, toki Alloh meni islom diniga kirishga muyassar qilgan qadar payg'ambar alayhissalomning g'alaba qildiganligiga ishonib keldim. Zuhriy mundaq degan. Qudusning amiri, Heraklining do'sti va Sham nasaralarining diniy raisi Ibn Nazir mundaq dedi. Herakli Qudusga keldi. Bir kun ertagini o'rnidan kayib uchgan oldi turdi. Nopozli qo'mondonlardan bir nechasi "Kayping bak nachar ko'rinadi-ku" deb so'radi. Herakli yulduzlarga qarashqa va kahinlikqa xushtar odam bo'lg'achqa, "Kecha yulduzlarga qaragan edim, xatni qildiganlarning podshohining g'alaba qildiganligini ko'rdim" dedi va "Bu yerda kimlar xatnisini qiladi?" deb so'radi. Ular Yahudiylardan boshqasi qilmaydi, lekin Yahudiylar tilga arzimas xalq. Hükümranlıqın astiki şəhərlərinin əmirlərinə xəbər yollasang, ular öz şəhərlərdə turayotgan Yahudilarni tutub öldürüvəsil bolmadımı deb məsləhət berishə başladı. Dəl şu paytda Ghassan padşahının Herakliga əvətgan elçisi yetib kelib, Peyğəmbər əleyhissalamның xəbərini yetkizdi. Herakli yendikilərə bu adamның, yəni elçinin xətni qılınğan yoki qılınmaganlığını təkşirib baxınlar dedi. Onun xətni qılınğanlığı bilindi. Herakli onundan ərəblər to'g'riliq so'ragan edi, u adam ərəblərning xətni qıldiganlığını aytdi. Şunun bilan Herakli, "Men yulduzda ko'rgan podshoh arablarning podshohi ekan, u o'tiriq chiqibdi" dedi. Ondan Herakli ilmda o'ziga tangdosh bo'lgan Rimlik do'stiga maktub yo'llab o'tib, Himis shahriga kelib tushdi. U texa Himisdan chiqmay turib, do'stining maktubi yetib keldi. Do'stimi uning fikrini qo'llab, shundoq bir payg'ambarning o'tiriq chiqqanligini aytgan edi. Shuning bilan Herakli Rim davlatining akabirlarini Himisdagi ordasiga yig'di. Hammasi kelgandan keyin orada ishkin taqotib, "Ey Rimliklar, nijotlikni, to'g'ri yo'lni va hukmronliklarning davomlashishini xohlasanglar, u payg'ambarga bay'at qilinglar" dedi. Bu so'zni anglagan kattalar xuddi yov eshaklardek eshik tarafga qarab qochishga boshladi. Vaholanki eshiklar taqoqliq edi. Herakli ularning qochqanligini ko'rib, iymon etishidan noumid bo'ldi-da, ularni oldiga chaqirib, "Men bayqi so'zimni sizlarning dininglarda cho'ng turadigan yoki turmaydiganlarni sinab beqish uchun aytgan edim. Sizlarning cho'ng turadiganliklaringizni ko'rdim" dedi. Shuning bilan ular Herakliga egilib ta'zim qilishdi va uningdan mamnun bo'lganligini bildirishdi. Mana bular mening Herakli haqida bildiganlarim. Tirmiziyning sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Jinlar vahiyni tinglash uchun osmonga chiqatdi. Ular bir so'zni anglab olsa, uningga 9 ni qo'shatdi. Shu birli so'z haq bo'lsa-mu, ularning qo'shilganlari batildir. Payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik berilganda, ular osmondagi joylarga chiqishdan ma'ni qilindi. Jinlar iblisga ahvolni ma'lum qildi. Bundan ilgari bunchalik ko'p yulduz etilib boqmagan edi. Iblis ularga "Bu zaminda bir ish bo'lganligidan derak berdi" dedi va darhol askarlarni zaminning har tarafiga avatdi. Ular payg'ambar alayhissalomning ikki tog' o'rtasida namoz o'qiyotganligini bayqadi. Askarlar qaytib berib ko'rganlarini aytgan edi. Iblis, "Mana bu zaminda yuz bergan ishdir" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomning sifatlar to'g'ri kelgan sayyidatlarni o'qib bo'ldik. Alloh xolisa kelar qitimda Isro voqeasini o'qiymiz. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Bugun anglaydiganlar Sira vaqasiga aloqador sayidishlar. İmam Buxariyning 3887 numurli hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Malik ibn Sa'sa radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga Sira ketish to'g'riliq mundaq so'zlab bergan. Men etim, ya'ni Ka'baning biqindagi bakar tamsi qilgan kichik o'yladiki chig'imda bir perishti kelib bu yerdan bu yergacha orliqni yerib qatada mundaq dedi. Yenimda Jarut bor edi. Men uningdan Payg'ambar alayhisalom shu so'zning qanchalik miqdorini maqsad qilgan deb so'ragan edim. Jarut kekirdikidan kindikining ostigacha deb javob berdi. Yürükümni çıkardı. Andın iman toşquzulgan bir altın qaça elip kelindi. Yürüküm yuyulup bolgandan keyin iman qaçılınıp joyiga silip yemletildi. Andın manga qichirdan kichik, eshakdan cho'ngroq oq ranglik bir uloq keltirildi. Jarut Anasdan: "Ey Abu Hamza, u uloq buraqmi?" deb so'ragan edi. Anas shundoq dedi. U qadamini cho'ng oldigan hayvon bo'lib, har bir qadamini ko'z yetkidek yiroqlikqa tashlaydi dedi. Ondan men uningga mindirildim. Jibril meni elib menga birinchi osmonga keldi va osmonning darvozasidan birini qoqdi. Ichidan "Kimsan?" degan ovoz keldi. Jibril "Men Jibril bo'laman" dedi. "Yaningda kim bor?" deb so'ragan edi. Jibril "Muhammad bor" dedi. U osmonga o'rlashga chaqirildimi deb so'raldi. Jibril "Ha" dedi. Uni qarshi olamiz, uning kelganligi ajab yaxshi bo'ldi deyildi. Ondan eshik ochib berildi. Birinci osmonga chiqib Adem alayhissalomni ko'rdim. Jibril "Bu sening atang Adem alayhissalom bo'ladi, uning salom qilgan" dedi. Men uningga salom qildim. U menga salom qaytirdi. Ondan u Salih o'g'limni va Salih payg'ambarni qarshi olaman dedi. Ondan Jibril bilan ikkinchi osmonga qarab o'rladik. Ikkinchi osmonga kelganda Jibril eshikni qoqdi. Ichidan "Kimsan?" deb so'raldi. Jibril, "Men Jibril bo'laman" dedi. "Yaningda kim bor?" deb so'ragan edi. "Muhammad bor" dedi. U osmonga o'rlashga chaqirdimi deb so'raldi. Jibril "Ha" dedi. "Qarshi olamiz, uning kelganligi ajab yaxshi bo'ldi" deyildi. Ondan eshik ochib berildi. Ikkinchi osmonga chiqib Yahya bilan Isoni ko'rdim. Ular ağaç singilning bolalari edi. Jibril "Bular Yahya bilan Isa bo'ladi, ularga salom bergin" dedi. Men salom berdim. Ular salomimni qaytirib bo'lib, Salih qarindishimizni va Salih payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Ondan yana yuqori qarab o'rladik. 3-osmonga kelganda Jibril eshikni qoqdi. Ichidan "Kimsan?" deb so'raldi. "Men Jibril bo'laman" dedi. "Yaningda kim bor?" deb so'ragan edi. "Muhammad bor" dedi. U osmonga o'rlashga chaqirildimi deb so'raldi. Jibril "Ha" dedi. "Qarshi olamiz, uning kelganligi ajab yaxshi bo'ldi" deyildi. Ondan eshik ochib berildi. 3-osmonda Yusufni ko'rdim. Jibril "Bu Yusuf bo'ladi, uning salom bergin" dedi. Men uningga salom berdim. U mu menga salom qaytirib, Salih qarindishimni va Salih payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Ondan yana yuqori o'rladik. 4-osmonga kelganda Jibril eshikni qoqdi. Ichidan "Kimsan?" deb so'raldi. "Men Jibril bo'laman" dedi. "Yaningda kim bor?" deb so'ragan edi. "Muhammad bor" dedi. U osmonga o'rlashga chaqirildimi deb so'raldi. Jibril "Ha" dedi. "Qarshi olamiz, uning kelganligi ajab yaxshi bo'ldi" deyildi. Ondan eshik ochib berildi. 4-osmonga chiqib İdrisni ko'rdim. Jibril "Bu İdris bo'ladi, uning salom bergin" dedi. Men uningga salom berdim. U mu menga salom qaytirib, Salih qarindoshni va Salih payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Ondan yana yuqoriga o'rladik. 5-osmonga kelganda Jibril eshikni qoqdi. Ichidan "Kimsan?" deb so'raldi. "Men Jibril bo'laman" dedi. "Yaningda kim bor?" deb so'ragan edi. "Muhammad bor" dedi. U osmonga o'rlashga chaqirdimi deb so'raldi. Jibril "Ha" dedi. "Qarshi olamiz, uning kelganligi ajab yaxshi bo'ldi" deyildi. Ondan eshik ochib berildi. 5-osmonga chiqib Harunni ko'rdim. Jibril "Bu Harun bo'ladi, uning salom bergin" dedi. Men uningga salom berdim. U mu menga salom qaytirib, yaxshi qarindoshni va yaxshi payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Ondan yana yuqori o'rladik. 6-osmonga kelganda Jibril eshikni qoqdi. Ichidan "Kimsan?" deb so'raldi. "Men Jibril bo'laman" dedi. "Yaningda kim bor?" deb so'ragan edi. "Muhammad bor" dedi. U osmonga o'rlashga chaqirildimi deb so'raldi. Jibril "Ha" dedi. "Qarshi olamiz, uning kelganligi ajab yaxshi bo'ldi" deyildi.
Andın eshik echib berildi. 6-cı asmanga chiqibla Musani gördüm. Jibril bu Musa buludu, onunğa salam bergin dedi. Men onunğa salam berdim. Umu salamni javob qaytırıp, yaxshi qarindoshni va yaxshi payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Musadan ayrilib mangan chig'imda u yig'lashga boshladi. Uningdan nimaga yig'laysan deb so'raldi. Qanidi u mendan keyin payg'ambar bo'lib kelgan bir yoshning ummatidan jannatga kirdiganlarning mening ummatimdan jannatga kirdiganlardan jiq bo'ldiganligiga yig'layapman dedi. Ondan Jibril meni yuqoriga o'rlatdi. 7-ci asmanga kelganda Jibril eshikni qaqdi. Ichidan kimsan deb so'raldi. Men Jibril deb bo'laman dedi. Yanında kim bar deb so'ragan edi. Muhammad bar dedi. U osmonga o'rlashga chaqirildimi deb so'raldi. Jibril a dedi. Qarshi olamiz, uning kelganlik ajab yaxshi bo'ldi deyildi. Ondan eshik ochib berildi. 7-ci asmonga chiqibla Ibrohimni ko'rdim. Jibril bu sening otang Ibrohim bo'ladi, uning salom bergin dedi. Men salom berdim. U mu salomni qaytirib, Salih o'g'limni va Salih payg'ambarni qarshi olamiz dedi. Ondan Sidratul Muntahaga olib chiqildim. Qarg'udek bo'lsam, uning mevasi xuddi küpdek yo'g'an, yopirmoqi pillarning qulqidek cho'ng ekan. Jibril mana bu Sidratul Muntaha dedi. U yerda 4 daryo bor bo'lib, ikkisi oshkora, ikkisi maxfiy ekan. Men "Ey Jibril, bu qandoq daryolar?" deb so'rasam, Jibril maxfiy ikkisi jannat daryolari, oshkorasi Nil bilan Firat daryolari dedi. Ondan menga Baytul Ma'mur ko'rsatildi. Uningdan keyin bir qacha may, bir qacha sut va bir qacha asal keltirildi. Men sutni tanladim. Jibril bu sen va ummating mangdigan to'g'ri yo'ldir dedi. Ondan menga va ummatimga bir kecha kunduzda 50 vaqt namoz farz qilindi. Men qaytib Musaning oldiga kelganda Musa Rabbing ummatingga nimalarni farz qildi deb so'radi. Men 50 vaqt namoz o'qishga buyurildim dedim. Musa ummatingning taqti bir kecha kunduzda 50 vaqt namoz o'qishga yetmaydi. Allohning nomi bilan qasamki, men senden burun Bani İsrailni sinab ko'rdim. Rabbimga qaytib yenikiltib berishni so'rag'in dedi. Rabbimga qaytib berib ummatim uchun yenikiltib berishni so'radim. Rabbim mendan 10 vaqtni yengillatdi. Men qaytib Musaga keldim. Musa ilgirkidek dedi. Men Rabbimning oldiga qayta bordim. Rabbim yana mendan 10 vaqtni yeniklatdi. Qayta Musaning oldiga kelsam, yana ilgirkidek gap qildi. Men yana Rabbimning oldiga qaytdim. Rabbim mendan yana 10 vaqtni yeniklatdi. Musaning oldiga qaytdim. U yana ilgirkidek gap qildi. Men yana Rabbimning oldiga qaytib bordim. Rabbim yana 10 vaqtni yengillatib, meni bir kecha kunduzda 10 vaqt namoz o'qishga buyurdi. Men qaytib Musaga keldim. U yana shunday gap qildi. Yana Rabbimga qaytdim. Bu qatim Rabbim meni bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdi. Men qaytib Musaga keldim. Musa menga Rabbing seni nimaga buyurdi dedi. Rabbim meni bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdi dedi. Dedim. Musa ummating bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga taqat qila olmaydi. Men senden ilgari Bani İsrailni sinab ko'rdim. Rabbingga qaytib ummating uchun yenikilib berishni so'rag'in dedi. Men Rabbimdan so'raverib so'rashdan oyoq qildigan yerga kelib qoldim. Men bir kecha kunduzda 5 vaqt namozning farz qilinganligiga rozi bo'ldim va qo'shildim dedim. Men Musadan ayrilib mangan chig'imda bir jakarchi bandalarimdan yengillatdim va farzimni muqimlashtirdim deb to'ladi. İmam Buxariyning 7517 numaralı hadisida Enes ibn Malik radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning haramdan osmonga olib chiqilgan Isro kechasi haqida mundaq degan. Payg'ambar alayhissalomga texi vahiy kelmagan chaqlar edi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom haram masjidida uxlayotganda yeniga 3 kishi, ya'ni farishtalar yetib keldi. Birinchisi u, ya'ni Muhammad qaysi deb so'radi. Ikkinchisi o'ttirdi yaqini shu, bu ularning eng afzali bo'ladi dedi. Üçüncüsü, undaqda ularning eng afzalini elib meninglar dedi. U kechisi mushu vaqalar bo'lib o'tdi. Yana bir kechisi ular yana yetib keldi. Bu qatim Payg'ambar alayhissalomning qalbi uyg'oq bo'lib, hamma ishni ko'rib turibdi. Payg'ambar ana shundaqdir. Gerçi ko'zlari uxlasimi, qalbi uyg'oq bo'ladi. Ular Payg'ambar alayhissalomga gap so'z qilmasdilar, ko'tarib apirib, Zamzam quduqining qishiga qo'ydi. Jibril derhal ishga kirishib, Payg'ambar alayhissalomning ko'ksini kekirdigiga yardida içini boşalttı. Ondan öz qo'li bilan Zamzam suyini yuyib tozaladi. Ondan uningga oltin ligan keltirildi. Uningda oltin jam bor bo'lib, ligan iymon va hikmat bilan to'ldirilgan edi. Jibril uning bilan Payg'ambar alayhissalomning ko'ksi va bo'yin tomirlarini to'ldirib, ondan yurkin joyiga soldi va ko'kirkini yemlab o'tdi. Ondan
Peygamber aleyhisselamni elip birinci asmana çıktı ve asmanның darvasından birini qaqdı. Davamı yuqur qadis bilan o'xshash bo'lib, buningda yana mundaq deb kelgan. Peygamber aleyhisselam qarğıdak bolsa, birinci asmanda ikki daryo eqiyotgan ekan. Cibril'den bu ikkisi nima daryo deb so'rgan edi. Cibril bular Nil bilan Fırat daryolarining manbasi bo'ladi deb javob berdi. Ondan Cibril bilan yuqoriga o'rildi. Qarğıdak bolsa, u yerdimi bir daryo bo'lib, uning ustida Mirvoyat bilan Zabarjatdan silingan bir qasr turg'udak. Qo'lini daryoga tiqib, suyning mushki ambar ekanligini his qildi va "Ey Cibril, bu nima?" deb so'rgan edi. Cibril, "Bu sana Rabbing saqlab qo'ygan Kavsardir" dedi. Ondan ular ikkinchi osmonga chiqib, osmon eshiklaridan birini qaqdi. Davomi yuqorqi rivoyatga o'xshash bo'lib, uningdan farqi shuki, bu rivoyatda ikkinchi osmonda Idrisni, to'rtinchi osmonda Harunni, oltinchi osmonda Ibrohimni, yettinchi osmonda Musoni, birinchi osmonda Hazrat Adamni ko'rganligi bayon qilingan. Hazrat Musa Muhammad aleyhisselamni ko'rib, "Ey Rabbim, hech kim mendan ustun narsaga nail qilinmaydi" deb o'ylaydim dedi. Ondan Jibril payg'ambar aleyhisselamni texim yuqori o'rlatdi. Qanchalik o'rlaganligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Oxiri Sidratul Muntahaga borib yetganda, izzat egasi bo'lgan Jabbar Parvardigoriga yoning ikki uchidek yoki uningdan qisqa orliq qilg'ich yaqinlashdi. Shuning bilan Alloh rasuliga mundaq vahiy qildi. Sana ve ümmetinge bir keç gündüzde 50 vaqt namaz farz qildim. Peygamber aleyhisselam pastga tushib, Hazreti Musa'nın qishig'i keldi. Musa onu to'xtatib, "Ey Muhammed, Rabbing ummetinge nimalarni topshirdi?" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam bir keç gündüzde 50 vaqt namaz o'qishga buyurdi dedi. Musa, "Ummeting buningga taqat qila olmaydi. Rabbingga qaytib, yeni kelib berishini so'ragan" dedi. Peygamber aleyhisselam Cibrilga xuddi maslahat qilganda qarabdi. Cibril, "Xohlasang ma'qul" degan deb ishorat qildi. Şunun bilan uni yana Jabbarning huzuriga o'rlatdi. Payg'ambar alayhissalom o'z o'rnidan midirlamay turib, "Ey Rabbim, bizdan yengillatgan ummatim buni qila olmaydi" dedi. Alloh uningdan 10 vaqt namozni yengillatdi. Ondan payg'ambar alayhissalom pastga tushib Musaning qishig'iga keldi. Musa uni to'xtatib so'radi. Mush tariqada Musa bilan Rabbining orliqida qatnab yurib, oxiri 5 vaqt namozga tushirildi. Musa yan to'xtatib, "Ey Muhammad, men qavmim Bani Isroilni buningdan az namoz o'qishga da'vat qilgan bo'lsam-mu, ular taqat qila olmay tashlab etgan. Ummating jismoniy, aqliy va ko'rish anglash jihatda texim ojiz. Yana qaytib borgan, Rabbing texim yengiltib bersin" dedi. Payg'ambar alayhissalom Jibrilga qaradi. Jibrilmi buni rad qilmay, uni 5-chi qatim yuqoriga o'rlatdi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Rabbim, ummatimning jismi, badallari, aqli o'shi, ko'rish va anglash iqtidori ojiz. Şunu bizge yengiltib bergen" deb iltijo qildi. Jabbar Alloh, "Ey Muhammad" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Labbeyke, farmanbardarman" dedi. Alloh, "So'zim o'zgarmaydi. Sana Lavhul Mahfuzda farz qilayotganim hisob. Har bir yaxshi ish o'n asli bilan hisoblanadi. Sana farz qilingan 5 vaqt namoz Lavhul Mahfuzda 50 vaqt bo'lib qabul qilinadi" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom Musaning yoniga qaytib bordi. Musa, "Qanday qilding?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, "Bizdan yengillatdi. Har bir yaxshi ishqa uni hisob beradigan bo'ldi" dedi. Musa, "Allohning nomi bilan qasamki, men qavmim Bani Isroilni buningdan azdan-baz o'qishga da'vat qilgan bo'lsam-mu, ular bo'lolmay tashlab o'tgan, yana qaytib borgan, Rabbing yana yengiltib bersin" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Musa, Allohning nomi bilan qasamki, Rabbimning huzuriga qayta-qayta chiqib o'ylab qoldim" dedi. Jibril, "Allohning ismi bilan tushgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom masjidda uyg'ondi. İmam Müslim'nin 162 numaralı hadisinde Enes radıyallahu anhu rivayet kılıdı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Bana bir duldul keltirildi. O eşekten çoğurak, keçirden kiçigrek, qadamini çoğ aldığan hayvan idi. Duldulga minib Beytul Muqaddasga bardim ve onu peygamberler ulaqlarını bağlaydigan halqaga bağladım. Ondan masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib masjiddan chiqdim. Jibril menga bir qacha may bilan bir qacha sut elib keldi. Men sutni tanladim. Jibril menga to'g'ri yo'lni tanlading dedi. Ondan osmonga o'rildik. Davomi Qatadaning hadisiga o'xshash bo'lib, buningda yana mundaq deyilgan: "U yerda Ibrohimning Baytul Ma'murga yo'linib turganligini ko'rdim. Baytul Ma'murga har kuni 70 ming farishta kirib turardi. Bir kirganlari qaytib kirmaydi. Ondan keyin Sidratul Muntaha daraxiga bordik. Bu daraxtning yaproqlarining cho'nliqi pelning quloqlaridek, mevalarining cho'nliqi küplardek edi. Rabbimning buyrug'i tushganda bu daraxtda o'zgarish paydo bo'ladi. Allohning mahluqotlaridan hech bir odam bu daraxtning go'zalligini tasvirlay olmaydi. Rabbim bilan Musaning orasida ko'p qatim mangdim. Oxirda Alloh taolo: 'Ey Muhammad,
Bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni farz qildim. Har bir vaqt namoz 10 vaqt namozning o'rnida, 5 vaqt namoz 50 namozning o'rnida bo'ladi, dedi. İmam Buxariyning 349 numurluq rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Abu Zar uningga Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini so'zlab bergan. Makkadagi chig'imda uyning usti ochilib, ichiga Jibril tushdi. U mening ko'kirkimni yerib, zamzam suvi bilan yuvdi. Ondan hikmat va iymon to'shqizilgan oltin qochini akilib maydonga qo'ydi. Ondan yeriqini etib, qo'limdan tutib birinchi osmonga olib chiqdi. Birinchi osmonga kelganimizda Jibril osmonga muakkal farishtaga eshikni och dedi. Farishta sen kim, yaningda kim bor deb so'radi. Jibril men Jibril bo'laman, yanimda Muhammad bor dedi. U chaqirildimi deb so'radi. Jibril a dedi. Shuning bilan eshik ochildi. Birinchi osmonda bir odamning o'ltirganini ko'rdik. Uning o'ng tarafida bir to'p, so'l tarafida bir to'p kishi bor bo'lib, u odam o'ng tarafga qarasa kulatdi, so'l tarafga qarasa yig'laydi. U Salih payg'ambarga va Salih o'g'liga marhaba dedi. Cibril'den bu kim buludu deb sorasam, Cibril bu Adem aleyhisselam, o'ng sol tarafdagilar uning avlodining ruhlari, o'ng tarafdagilar jannat ahli, sol tarafdagilar do'zax ahli, shunga o'ng tarafga qarshi kuludi, sol tarafga qarshi yig'laydi dedi. Ondan Cibril meni ikkinchi osmonga olib chiqib, muakkal farishtaga eshikni och dedi. Farishta oldingi farishtadek so'zlarni qildi. Ondan eshik ochildi. Anas mundaq deydi. Abu Zar yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning osmonlarda Adem, İdris, Musa, İsa ve İbrahim aleyhisselamlarını uçurtqanligini so'zlab berib, Adem aleyhisselamni 1-ci osmonda, İbrahimni 6-cı osmonda uçuratdi dedi. Qolgan payg'ambarlarni qaysi osmonda uçuratqanligini demidi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi mundaq davomlashadi. Jibril aleyhisselam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni elib İdris'ning yeniga chiqqanda İdris Salih qarindoshga marhaba dedi. Men bu kim deb so'rasam, Jibril u İdris dedi. Ondan Musa'ning yonidan o'tdik. Musa Salih payg'ambar va Salih qarindoshga marhaba dedi. Men bu kim deb so'radim. Jibril bu Musa bo'ladi dedi. Ondan İsa'ning qishidan o'tdik. U mu Salih payg'ambar va Salih qarindoshga marhaba dedi. Men bu kim deb so'radim. Jibril bu İsa'dir. İsa bo'ladi dedi. İbrahimning yeniga kelganda Salih payg'ambarga va Salih o'g'li marhaba dedi. Men bu kim deb so'radim. Jibril bu İbrahim Halilullah dedi. İbn Abbas bilan Abu Habiba Ansarilardan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ondan men o'rlagancha bir manzilga chiqdimki, u yerda Alloh hukm qilgan narsalarni yozayotgan qalamlarning shirilgan ovozini angladim." İbn Azm bilan Anas ibn Malik'dan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allah mening ummatimga 50 vaqt namozni farz qildi. Parvardigorimning huzuridan qaytib Musaning yoniga tushdim. Musa Allah ummatingga nimani farz qildi deb so'radi. Men 50 vaqt namozni farz qildi desam, Musa Rabbingga qaytib borgan, chunki ummating buni qila olmaydi dedi. Men Rabbimning oldiga qayta berib edim, uning yerimini ko'tarib etdi. Musa kelib Allah yerimni ko'tarib etdi desam, Musa Rabbingga qaytqin, ummating buni qila olmaydi dedi. Men Rabbimning huzuriga qaytib chiqdim, ya'ni yerimini ko'tarib etdi. Musa'nın qishiga qaytib tushdim. U yana Rabbingga qaytqin, ummating buni qila olmaydi dedi. Men yana Rabbimning huzuriga chiqdim. Rabbim 5 vaqt namoz, 50 vaqt namozga hisob dedi. İmam Müslimning 173-numurluq rivoyatida Abdullah ibn Numayrdan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam osmonga olib chiqilganda Sidratul Muntahada to'xtatildi. U 6-osmonda edi. Zamindan o'rlaydigan har shay shu yerda to'xtaydi. Ondan u yerdan elinadi. Ustidan tushadiganlarmi shu yerda to'xtaydi. Ondan u yerdan elinadi. Alloh taolo mundaq degan: "U Sidratul Muntahani qoplagan chog'da ko'rdi." Payg'ambar alayhissalom qoplagan narsa oltin yopiq edi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga u yerda 3 ish berildi. Birinchisi 5 vaqt namoz, ikkinchisi Baqara surasining oxirgi oyatlari, uchinchisi ummatidan gunoh o'tkazgan, lekin Alloh taologa sherik keltirgan kishining mag'firat qilinishi. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Ibn Burayda dadasidan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biz Baytul Muqaddasga berib to'xtaganda, Jibril barmoqi bilan ishorat qilibla toshni teshib, duldulni uningga bog'ladi." İmam Buxariyning 3886-numurluq hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan:
Qurayishlar mening bir kechida Baytul Muqaddasga berib kelganligimni inkor qilgan chaqda, men Hijr Ka'baning biqindagi pakar tamsilini o'ylab turib, ularga Baytul Muqaddasni aniq tasvirlab berdim. Shu chaqda Alloh menga Baytul Muqaddasning simasini ko'z oldimga kelib bergan edi. İmam Ahmedning raviylar sahih hadisning raviylar bo'lgan rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Men Baytul Muqaddasga kelib berilgan kechasi saharda Makka ga kelgandan keyin o'z ishimdan ansiradim. Chunki kishilarning meni yolg'onchiga chiqarganligini bilatdim. G'amga botgan holda o'tiratdim. Yenimdan Allohning dushmani Abu Jahl o'tdi. Meni ko'rib yanimga keldi va masxara aralash bir ish bo'ldimi deb so'radi. "Ha" dedim. "Nim bo'ldi?" deb so'radim. Safar qilib keldim dedim. "Qayerga bording?" deb so'radi. "Baytul Muqaddasga" dedim. "Kechich berib aramizga qaytib kelib bo'ldi, shundaqmi?" dedi. "Ha, shundaq" dedim. "Sening qavmingni chaqirib kelsam, menga aytganlaringni ularga aytamsan" dedi. "Ha, aytaman" dedim. Abu Jahl, "Ey Ka'b ibn Lu'ay qavmi, tez kelinglar" deb vaqirdi. Ular darhol yetib kelishdi. Abu Jahl, "Qani, menga aytganlaringni ularga aytqin" dedi. "Men bu kecha safar qilib keldim" dedim. "Nega bording?" deb so'rashdi. "Baytul Muqaddasga" dedim. "Kechichi berib saharda yanimiz qaytib kelib bo'ldingmi?" deyishdi. Shundaq dedim. Bu so'zing hayron bo'lganlikdan ba'zilar chavakchilashqa, ba'zilari beshini tatlashga boshladi. Ular meni yolg'on gap qildimikin deb o'ylab, "Sen bizga masjidni tasvirlab bera olamsan" deyishdi. Oralarida Baytul Muqaddasga berib kelib turdiganlar xali bor edi. "Ma'qul" dedim va tasvirlashga boshladim. Ba'zi yerlarni tasvirlab berolmagil tas qolgan edim. Shu amon Baytul Muqaddasning simasi ko'z oldimga keltirildi. Men shunga qarab birma-bir tasvirlab berdim. Shuning bilan ular Allohning nomi bilan qasamki, hamma yerini to'g'ri, to'liq tasvirlab berdi deyishdi. Sekiz ming to'rt yuz qirq to'rtinchi numurliq uzun hadis, Bezzarning hadisi. Raviylar ishonchlikan, lekin sanadida noma'lum kishilar bor ekan, shuni o'qimaymiz. Uzun hadis ekan, ammo sanad noma'lum kishi bor ekan. Bezzarning Abu Ya'la Bezzar va Tabranininki raviylari Sayyidning raviylari bo'lgan hadisida bundaq kelgan. Duldul taqqa kelganda ikki putini, yerga tushganda ikki putini oldi putlarini ko'taratdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Baytul Muqaddasda payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidi deyilgan. Bezzar va Tabranining raviylari Sayyidning raviylari bo'lgan hadisida Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Men o'ltiratdim. Jibril kelib o'shnamga urdi. Darhol o'rnimdan turib, bir tut daraxt tubiga bordim. U daraxtda qushning changisidek ikki narsa bor edi. Uning birida Jibril, yana birida men o'ltirdim. Ondan daraxt o'rlab yuqoriga ko'tarilishga boshladi. Hatto sharq bilan g'arbni qoplab ketdi. Men atrofga qarab o'ltirdim. Qo'limni shundoq so'zsamla osmonga bemalol yetadi. Jibril qarg'an edim, uning mukchiyib ketganligini ko'rdim-da, uning Allohning tunishda mendan ustun ekanligini bilib yetdim. Osmon eshiklari ochildi. Nihoyat cho'ng nurni ko'rdim. Perdaning orqasida marvoyit va yoqutlar yaltirab turardi. Ondan Alloh menga o'zi xohlagan miqdorda oyat vahiy qildi. Shuning bilan Isro voqeasiga aloqador sayyidlar o'qib bo'ldik. Alloh xolsa kelar qitimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning g'ayb haqida bergan xabarlarni o'qiymiz. Allah hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Hozir anglaydiganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning g'ayb haqida bergan xabarlarga aloqador sahih hadislar. İmam Buxoriyning 3121 numurli hadisida
Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kisra halak bo'lsa, uningdan keyin Kisra bo'lmaydi. Qaysar vayron bo'lsa, uningdan keyin Qaysar bo'lmaydi. Jenim ilkir bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, u ikkisining xazinalari cho'qim Alloh yo'lida sarf qilinadi. İmam Buxariyning 3595-numurli hadisida Adi ibn Atam radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida edik. Bir odam kelib payg'ambar alayhissalomga kambag'allikdan shikoyat qildi. Orqadan yana bir odam kelib yo'l to'sib bulonchilik qilg'ishlardan shikoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Adi, sen yerani ko'rib baqqanmi?" dedi. Men "Yo'q, ammo shundaq shahar bor" deb angladim desam, payg'ambar alayhissalom: Agar ömrün uzun bo'lsa, ayol kishining yeradan yo'lga chiqib, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmay, xotirjam holda yo'l yurib, Ka'bani tavaf qilg'ili kelganligini cho'qim ko'rasan dedi. Men o'z-o'zimga, butun shaharlarni talon-taroj qilgan Tay qabilasi u chog'da nima qilar dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Agar uzun umr ko'rsang, Kisra xazinalarining ichilganligini ko'rsan" dedi. Men "Hurmuzning o'g'li Kisrami?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Shundoq, agar umring yer bo'lsa, bir odam oltin kumushlarning zakatini elib chiqsa, uning zakatini qabul qiladigan birini topolmaganligini ko'rsan. Qiyomat kuni biringlar Rabbinglarning huzuriga chiqsizlar. Oranglarda hech qanday tarjimon bo'lmaydi. Alloh taolo uningga sana tabliq qilgan payg'ambar avatmidimi deb so'raydi. U banda shundoq avatding deydi. Allah sana malni ko'plab bermadimmi deb so'raydi. U banda shundoq berding deydi. U o'ng va so'l tarafga qarab jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundaq degan: Yerim xurma sadiq qilib bo'lsa-mu do'zaxdan saqlaninglar. Agar sadiq qiladigan yerim xurma chog'liq narsani topolmasanglar, biror yaxshi so'z bilan bo'lsa-mu do'zaxdan saqlaninglar. Adi mundaq degan: Darvaqa payg'ambar alayhissalomning deganlari yuz berdi. Ayol kishining iradan yo'lga chiqib, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmagan holda yo'l yurib, Ka'bani tavaf qilg'ili kelganligini ko'rdim. Kisraning xazinasini fath qilganlar ichida men bor edim. Agar umringlar yer bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning oltin kumushlarining zakatini oladigan odam topolmaydi degan so'zini amalga oshganligini cho'qim ko'rsizlar. Abu Davudning sahih rivoyatida Savban radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allah menga zaminni kichiltib ko'rsatdi. Shuning bilan men zaminning mashriq, mag'riblarini ko'rdim. Ummatim men ko'rgan yerlarning hammasi yetib boradi. Menga oltin kumush boyligi berildi. Men Rabbimdan ummatimni umumiy qahatchilik bilan aloq qilmaslikni, ularga o'zlaridan boshqa dushman musallat qilib, ummatimni yiltizdan quritib o'tmaslikni tiladim. Rabbim menga: "Ey Muhammad, mening hukmim qaytarilmaydi. Men ularni umumiy qahatchilik bilan aloq qilmayman. Hatta bütün dünya ulara qarşı toplangan taqdirdimi, ularga o'zlaridan boshqa dushmanni musallat qilib, ularni yiltizdan quritib o'tmayman. Ammo ular o'zaro bir-birini qirishgan va bir-birlarini asir olishgan chaqda ularga boshqa dushmanlari musallat qilinadi" dedi. Haqiqatan men ummatimning ozg'in imomlaridan bid'atchilikka da'vat qilganlardan ansirayman. Ummatimda ichki urush portlalsa, ta qiyomat kunigacha to'xtamaydi. Ummatimdan bir qancha qabila mushriklarga ergashmagicha, ummatimdan bir qancha qabila butlarga cho'qinmagicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ummatimdan 30 kazzab chiqadi. Ularning har biri o'zini payg'ambar deb da'vo qiladi. Men payg'ambarlarning oxiridirman. Mendan keyin payg'ambar kelmaydi. Ta qiyomat qoyim bo'lguncha ummatimning bir qismi hamisha qusida bo'ladi. Ular qarshi chiquvchilar ularga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. İmam Buxariyning 3631-numurli rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Yung adilinglar yo'qmi?" deb so'radi. Men bizning nadim yung adilimiz bo'lsin desam, payg'ambar alayhissalom pat arda bo'ladi dedi. Rost degandek, keyin bizning adilimiz bo'ldi. Men ayolimga shu yung adillarni yig'ib desam, u payg'ambar alayhissalom pat arda adilinglar bo'ladi deganmi? Demaganmi dedi-de, shuning bilan men adyalni oldirib o'tmay, joyida qo'yib qo'ydim. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allah bu ummatga har 100 yilning beshida dinni yanglaydigan bir kishi avatidi.
İmam Müslimning 2891 numaralı hadisida Huzeyfe radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib, qiyomatgacha bo'ladigan ishlarning birini qo'ymay so'zlab berdi. Ularni esi tutganlar esi tutib oldi. Unutganlar unutdi. Hamrohlarimmi ularni yodida tutib oldi. Payg'ambar alayhissalom aytgan ishlardan biri yuz bergan chaqda esimdan ko'tarilib ketgan hadislardan biri yodimga keladi. Bu xuddi bir uchrashgan kishini unutib qolib, keyin uning bilan qayta uchrashib qolganda darhol esiga olgandek ish edi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom 35 yoki 36 va yoki 37 yil hukmronlik qiladi. Musulmonlar halokatga yuzlansa, ilgirki ummatlardek halok bo'lib ketadi. Dinni yiqitmay tura olsa, ularning dini 70 yilgacha tik turadi dedi. Men bu 30 yil 70 yildan ayrimmi yoki shuning ichidami deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom shuning ichida deb javob berdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men ümmetimning amal ibodatdan ojiz kelib, Parvardigorning dargohida jannatga kirishga yarim kun bo'lsin kechikib qolmasligini umid qilaman. Saiddan yarim kun qanchalik vaqtga teng deb so'ralgan edi. U 500 yilga teng deb javob berdi. İmam Buxariyning 3169 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Xaybar fath qilinganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga zaharlangan qo'y go'shti keltirildi. Payg'ambar alayhissalom "Menga bu yerdagi yahudiylarni yig'ib beringlar" dedi. Yahudilar darhol yig'ildi. Payg'ambar alayhissalom "Sizlardan bir ish to'g'riliq so'rasam, menga rostchilik bilan javob beramsizlar" deganida ular "Ha" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom "Otanglar kim?" deb so'ragan edi. Ular "Palonchi" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Yolg'on aytdinglar, otanglar u emas, balki palonchi" dedi. Ular "Rost aytding" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom yana "Sizlardan bir ish to'g'riliq so'rasam, menga rostchilik bilan javob beramsizlar" dedi. Ular "Ha, ey Abul Qosim, agar biz yolg'on aytsak, boya otimiz haqidagi yolg'onimizni bilib olgandek, yolg'on aytganlarimizni bilib oldi ekansan" deyishdi. Payg'ambar alayhissalom "Do'zax ahli kimlar?" dedi. Ular "Biz uningda az vaqt turamiz, ondan o'rnimizga sizlar almishsizlar" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Shu do'zaxga mangulik mahkum bo'lib ketinglar, Allohning nomi bilan qasamki, biz hargiz sizlarning o'rninglar almashmaymiz" dedi. Ondan "Sizlardan bir ish to'g'riliq so'rasam, menga rostchilik bilan javob beramsizlar" dedi. Ular "Ha, ey Abul Qosim" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Bu qo'yni zaharladinglarmi?" deb so'ragan edi. Ular "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Nima uchun shunday qildinglar?" degan edi. Ular "Agar yolg'onchi bo'lsang, sendan biroqli qutulishni, agar rost payg'ambar bo'lsang, buning senga ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylab shunday qildik" deyishdi. İmam Müslimning 2782 numaralı hadisida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safardan qaytib Madinaga yaqinlashganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Safardan qaytib Madinaga yaqinlashganda qattiq shamol chiqib, karvonni ko'mayotgil tasqalgan edi. Payg'ambar alayhissalom "Bu bir munofiqning o'limi uchun avatilgan" dedi. Madinaga kirib qarasak, darvaqa munofiqlarning katta o'lgan ekan. Abu Davudning sahih rivoyatida Asim ibn Kulaybning dadasi bir ansariydan rivoyat qildiki, u mundaq degan: "Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan jinoz namoziga chiqdik. Men Payg'ambar alayhissalomning qabrini ko'rgan kishiga bosh va oyoq tarafini kang qilgan deganini angladim. Qabri beshidan qaytib kelayotganda bir ayolning xizmatchisi ziyofatga chaqirib oldiga keldi. Payg'ambar alayhissalom u ayolning uyiga berib o'ltirdi. Biz uning bilan birga edik. Mehmonlarning oldiga qo'y go'shti keltirildi. Payg'ambar alayhissalom qo'lini uzatgandan keyin qolganlarni elib yeyishga boshladi. Dadalarimiz Payg'ambar alayhissalomning go'sht chaynashdan to'xtab qolganligini ko'rdi. Payg'ambar alayhissalom "Men bu go'shtning ta'midan qo'yning egisidan ruxsatsiz aylanganligini sezyapman" dedi. Ayol darhol chaqirilib ahvol aytilgan edi. U ayol "Ey Rasululloh, men qo'y setib olish uchun baqiqqa odam avatgandim. Lekin u yerda qo'y qolmabdi. Ondan qo'y setib olgan qo'shnimga odam avatib, ularning qo'yini olgan bahosida menga setib berishni so'radim. Er bo'lmag'achqa ayoli qo'yni avatib beribdi" dedi. Buni anglagan Payg'ambar alayhissalom "Bu go'shtni asirlarga bergan" dedi.
İmam Buxariyning 1420 numurliq hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollaridan biri: "Ey Rasululloh, sendan keyin qaysimiz visolingga eng boldir yetimiz, ya'ni vafot bo'lamiz?" deb so'rgan edi. Payg'ambar alayhissalom qo'li eng uzun bo'lgani dedi. Shuning bilan bir tal chiviq keltirib, qo'limizni o'lchashga boshladik. Savdaning qo'li eng uzun bo'lib chiqdi. Keyincha qo'li eng uzun degan so'zdan sadiqani eng ko'p beradigan degan ma'noning maqsad qilinganligini bildik. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin eng burun vafot bo'lgani Zaynab binti Jahsh bo'ldi. U sadiq qilishni bakmi yaxshi ko'radi. İmam Muslimning 2452 numaralı hadisida müminlarning onasi Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aranglardan qo'li eng uzun bo'lgani mendan keyin eng burun vafot topadi dedi. Qaysimizning qo'lining uzun ekanligini bilib beqish uchun darhol o'lchash kirishib ketdik. Zaynabning qo'li eng uzun bo'lib chiqdi, chunki u o'z qo'li bilan ishlab tepib sadiq qiladi. Tabaranining Al-Kabir'dagi raviylari sahih hadisning raviylari bo'lgan hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Vahib ibn Umayr Uhud g'azotida qatnashgan vaqtida texi kafir edi. U yaralanib, o'liklar orasida yetib oldi. Ansarlardan biri uning yonidan o'tib ketib bilib qoldi-da, qilichini uning qo'rsiqidan tiqib, dumbusdan chiqarib etdi. Qorong'u tushib, havo so'g'andan keyin Vahib Makkaga berib oldi. Ko'p o'tmay uning jarohati saqayib ketdi. Bir kuni Vahib hijrning yanında Safvan ibn Umayya bilan paranglashib o'tirib, agar kichik bolalarim va qarzim bo'lmagan bo'lsa, Muhammadni o'z qo'lim bilan o'ltirgan bo'lardim dedi. Safvan: "Bolalaringga qarzingni mana men ustimga olaman" dedi. Shuning bilan ikkisi ahdlashdi. Vahib qilchini zaharlab mo'risiga osdi va Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Hazrat Umar uning Madinaga kirib kelayotganligini ko'rib qolib cho'chib ketdi-da, boshqa sahobalarga bu munofiqning Madinaga kelishining dargumon bo'lmoqdaman. Buni payg'ambar alayhissalomning oldiga olib beringlar, lekin qattiq ehtiyot qilinglar dedi. Va payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, "Ey Muhammad, xayrlik sar" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh bizga buningdan yaxshilarni ato qildi. Qani aytqina, nima kelding?" dedi. Va "Qulinglardagi asirlarga fidya to'lash uchun keldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Undaqdan nima ish qilish esib olding?" deb so'ragan edi. Va "Bu qilishni esib olgan bilan bizga nima foydasi tegdi? Badr kuni bizga bir foydasi ko'rmadik. Bir foydasini ko'rdikmi? Bizni sizlardan qutuldirib qala oldimi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sen hijrda Safvonga agar bolalarim va qarzim bo'lmagan bo'lsa, Muhammadni o'z qo'lim bilan o'ltirgan bo'lardim demedingmi?" dedi. Buni anglagan Vahb: "Nima deding? Qayta degina" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning qayta deb bergan edi. Vahb: "Sen zamin ahli bildigan biror ish haqida xabar bersang, biz seni yolg'onchi deydik. Mana endi osmon ahlidan boshqa odam bilmaydigan bir xabarni deb beryapsan. Şoň şahadat aytimenki, bir Allah'tan başqa ilah yo'qtur. Sen Allah'ның barhaq elçisidursan" dedi. Ondan "Ey Rasulullah sallallohu bergin" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning sallasini berdi. Shuning bilan u Makka ga qaytib ketdi. Umar radhiyallohu anhu u Madinaga kelganda menga cho'shqidimmi yiqimsiz ko'ringan edi. Makka ga qaytadigan chaqda o'z o'g'limdimi suyimlik bo'lib ketdi, ko'rinib ketdi dedi. İmam Müslimning 1392 numaralı hadisida Abu Umayd radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan safarga chiqdik. Tabukka yetib borganda payg'ambar alayhissalom: "Bugun kecha qattiq shamol chiqdi. Shunga hech kim o'rnidan turmasin. Kimning ulug'i bo'lsa ching bog'lab etsin" dedi. Darvaqa u kecha qattiq shamol chiqdi. Bir odam o'rnidan turdi, shamol uni ushurtib opirib tayti-taqqa tashladi. Şunun bilan payg'ambar alayhissalomning g'ayib haqqida bergan xabarlarga aloqador sahih hadislarni o'qib bo'lgan bo'ldik. Alloh xolisa kelar qatimda jonliq va jonsizlarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga gap qilishga aloqador hadislarni o'qiymiz. Alloh hammalarga foydali qilib ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Az qardaşlar, anlayatqanlar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribining Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Biz go'zal sifatlar va fazilatlar bo'limini o'qiyotgan. Bugun anglaydiganlar jonliq va jonsizlarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gap qilishiga aloqador sahih hadislar.
Tirmizining Sahih hadisida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Makkada bir tosh bor bo'lib, payg'ambar qilib avatilgan dastlabki kunlarda u tosh menga salom beradi. U toshni hozirmi aniq toniy olmayman. Tirmizining Sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mundoq rivoyat qilinadi. Bir Arabi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Men sening payg'ambar ekanligingni qandoq bilaman?" degan edi. Payg'ambar alayhisalom qarab tur, "Men shu bir sapoq xurmoni yanimga chaqirsam, sen mening Allohning payg'ambar ekanligimga ishonamsan?" dedi. Ondan xurmoni yaniga chaqirdi. Xurma sapqi shexidan ajrab payg'ambar alayhisalomning oldiga tushdi. Ondan payg'ambar alayhisalom "Endi joying qaytqin" degan edi. Xurma sapqi qaytib berib shexiga joylashdi. Buni ko'rgan Arabi darhol iymon etib musulmon bo'ldi. İmam Buxoriyning 3859-numurli hadisida Abdurrahmondan mundaq rivoyat qilinadi. Men Masruhdan kechida jinlarning Qur'onni tingishganligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kim uqtirib qo'ygan deb so'rasam, u dadang Abdullah ibn Mas'udning menga so'zlab berishicha, ularning kelganini bir tut daraxt aytgan ekan, dedi. İmam Buxoriyning 2095-numurli hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Ensarilardan bir ayol: "Ey Rasululloh, mening bir yog'ochchim bor. Xohlasang sana o'ltiradigan bir narsa yasab bersin" degan edi. Payg'ambar alayhissalom "Mayli, aytganingdek bo'lsin" dedi. Shuning bilan u ayol payg'ambar alayhissalomga munbar yasab berdi. Juma kuni bo'lganda payg'ambar alayhissalom u munbarda o'ltirgan edi. Payg'ambar alayhissalom ilgari yanada turib xutba so'zlaydigan xurma yog'ichi shundoq qattiq ovoz chiqardiki, yerilib ketgili tas qoldi. İmam Buxoriyning 3584-numurli hadisida mundaq kelgan: "U xurma yog'ichi xuddi kichik boladek yig'lab ketdi. Payg'ambar alayhissalom munbardan tushib yog'ochni quchoqlab qo'ygan edi. Yog'och o'ksib yig'lab oxir to'xtab qoldi. Payg'ambar alayhissalom bu yog'och ilgari anglaydigan zikridan ayrilib qolganlik uchun nola qilib yig'ladi" dedi. Nesaining Sahih rivoyatida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutba so'zlaganda masjiddagi xurma ko'tkiga yo'linadi. Munbar yasalgandan keyin payg'ambar alayhissalom uning ustiga chiqqan edi. U ko'tek xuddi tugining mozlashidek echinishlik ovoz chiqarishga boshladi. Ovoz shundoq ching bo'lg'achqa masjidlarning hammasi angladi. Payg'ambar alayhissalom munbardan tushib ko'tekni quchoqlab qo'ygan edi. Şükkide jim bo'lib qoldi. İbn Majahning Hasan rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan Darimininki o'xshash bir rivoyat qilingan bo'lib, uningda mundaq kelgan: Masjid qayta silish uchun o'rilgan vaqtda Ubay ibn Ka'b u xurma ko'tkini uyiga kelib ketgan yoki qurt yeb chirib ketkicha xurma ko'tki shuning uyida turgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning barakati bilan yemek-ichmakning ko'payishi. İmam Buxoriyning 344-numurli hadisida İmron radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan safarga chiqib, kecha yo'l yurdik va tongga yaqin bir yerga tushib aram oldik. Hammamiz shu qadar shirin uyquga ketgan edikki, quyoshning haroratidan aralla uyg'ona oldik. Dastlabda uyg'ongan kishi paloni, ondan paloni edi. Abu Rija ularning ismini bir-birlab atab bergan, lekin Avf unutib qolgan. Ondan Hazrat Umar uyg'ondi. Odatda payg'ambar alayhissalom uxlab qolsa, o'zi uyg'onmoqcha uyg'otmaydiq. Chunki biz payg'ambar alayhissalomning uyqusida qanday ishlarning yuz berganligini bilmaymiz. Umar ko'zni ochibla bu ahvoldan ajablandi-da, bar ovoz bilan takbir to'lashga boshladi. Uning ovozi bekmi jarangliq edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning takbir ovozidan uyg'onib ketdi. Sahabeler o'zlarining qattiq uxlab ketganligini aytib, payg'ambar alayhissalomga o'zlarini qo'yishga boshlagan edi. Payg'ambar alayhissalom hech qisi yo'q, darhol yo'lga chiqinglar dedi.
Lekin ancha uzoq bo'lmayla bir yerga tushib tahorat oldi va jamoatga imom bo'lib bomdod namozini o'qidi. Namozni o'qib bo'lgandan keyin jamoatdan ayrilib bir chetda turgan biraylarni oldiga chaqirdi va "Ey paloni, nimishqa bilan namoz o'qimding?" deb so'radi. U kishi junub bo'lib qolgan edim, g'usl qilish uchun suv topolmadim dedi. Payg'ambar alayhissalom pak to'pida tayammum qilgan, u kifoya qiladi dedi. Ondan safarni davomlashtirdi. Kishilar bek ustab ketganligini shikoyat qiluvdi. Payg'ambar alayhissalom to'xtab, Ali bilan yana bir kishini chaqirdi. Abu Rija bu kishining ismini Avfga aytib bergan, lekin Avf unutib qolgan. Ularga "Ikkinglar berib suv tepib kelinglar" dedi. Ikkalan ketib o'tib, tugisiga 2 tulum suv ortib olgan bir ayol uchrab qoldi. Ayoldan "Suvni qayerdan olding?" deb so'ragan edi. Ayol "Bu suvni tungin mushundaq vaqtda elib yo'lga chiqqan edim. Erlarimiz bizni tashlab oldimizga ketib bo'ldi" dedi. Ular "Undaq bo'lsa biz bilan mang'in" dedi. Ayol "Nega?" deb so'ragan edi. Ular "Payg'ambarning qashig'i" deb javob berdi. Ayol "Ota-bobosining dinini tashlagan ilk odamning qashig'imi?" deb so'radi. Ular "Ha, shu odamning qashig'i" dedi va ayolni Payg'ambar alayhissalomning oldiga boshlab bordi. Payg'ambar alayhissalom tulumlarning og'zini yashkizdi va bir qoch keltirib, uningga suv to'kdi. Ondan tulumni og'zini mahkam bo'g'itib, ostidagi kichik og'zini ochib qo'ydi. Ondan sahobalarni suv ichishga chaqirdi. Hammaylar kelib qong'ich ichgandan sirat ot uloqlarini sug'urib oldi. Payg'ambar alayhissalom bir qochoq suv ilib, eliq junub bo'lib qolgan odamga berdi va "Buni ilib berib yuyinib olgan" dedi. Shuning bilan u odammi yuyinib g'usl qilib oldi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, suv azish u yoqda tursin, burunqidanmi ko'payib ketgandek ko'rinadi. U ayol nereda bizga qarab turadi. Ondan Payg'ambar alayhissalom "Bu ayolga ozroq bir narsa tayyorlab beringlar" dedi. Sahobalar xurmo, un va boshqa yemeklardan yig'ib, bir parcha daraxtning ustiga qo'ydi va bo'g'chi qilib bog'ladi. Ondan ayolni tugsiga mindirib, bo'g'chini oldiga ortib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u ayolga "Ko'rib turibsanki, suying ozlab ketmadi. Bizga suvni faqat Alloh taolo berdi" dedi. Ayol kechikib qolgachqa oilasidagilar ansirab ketgan edi. Ular "Nima uchun kechikib qolding?" deb so'rashdi. Ayol "Ajoyib bir voqea tufaylidan kechikib qoldim. Yo'lda 2 odam uchrab qolib, meni ota-bobosining dinidan chiqqan ilk odamning yoniga olib bordi. U mundaq ishlarni qildi. Allohning nomidan qasamki, u odam ya bu ikkisining o'ttirib ko'rsatkich barmoqida osmon bilan zaminni ishorat qilib turib, o'ttirisiga eng chong sergar yoki bo'lmasa Allohning haqiqiy payg'ambari" dedi. Aradan ko'p o'tmay musulmonlar mushrik mahallalarga hujum qilib, mol chorvalarini o'lja oldi. Lekin u ayolning mahallasiga faqat chaqilmadi. Buni ko'rgan ayol "Bular bizga qasddan chaqilmayotganda qildi. Mencha islom dinini qabul qilinglar" dedi. Shuning bilan u ayolning maslahatini qabul qilib musulmon bo'ldi. Imom Muslimning 682-nomerli hadisida mundaq kelgan. Ayol u ikkalanga "Oho, sizlarga suv yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelinganda o'zining yetim bolalari borligini aytib dard to'kdi. Payg'ambar alayhissalom u ayolning to'gisini cho'ktirishga buyurdi. Shuning bilan to'gi cho'ktirildi. Payg'ambar alayhissalom tulumning og'zini yechib, muborak og'ziga ozroq suv oldi. Ondan suvni tulumga qaytib purkidi. Ondan bizni suv ichishga chaqirdi. Biz jami 40 kishi edik. Hammamiz qong'ich ichgandan sirt tulum, idish, evroqlarimizni liq to'ldirib oldik. Ondan junub imrohimizni g'usl qildirdik. Lekin ayolning tulumidagi suv yana lip-miliq bo'lib, xuddi bir tomchimi ilinmagandek edi. Imom Muslimning 681-nomerli hadisida Abu Qatada radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga "Bugun tushdan keyindan tortib at tong otqicha yo'l mangsizlar, Alloh xolisa at suv bor joyga yetib borsizlar" dedi. Buning bilan kishilar bir-birini saqlamay yurib ketdi. Payg'ambar alayhissalom ularning orqasida yo'lga chiqdi. Men uning bilan birga edim. Payg'ambar alayhissalomni yo'lda mugidak bosib boshladi. Birdilla yon tarafga qiyshib, ulardan tushib ketib tas qoldi. Men darhol yonishib berib, uni o'yg'it o'tmay ruslab qo'ydim. Safarimiz to'xtamay davomlashyotdi. Yerim kechi bo'lganda Payg'ambar alayhissalomni yana mugidak bosib, yon tarafga qiyshib qoldi. Men yana yonishib berib, o'yg'it o'tmay ruslab qo'ydim. Yana to'xtamay mangdik. Tongga yaqin Payg'ambar alayhissalomni yana mugidak bosdi va oldin 2 qatim qadamni bekrak qiyshib qoldi. Men yana yonishib berib, ruslab qo'ymoqchi bo'ldim. Ammo Payg'ambar alayhissalom bu qatim uyg'onib ketib, "Sen kim?" deb so'radi. Men Abu Qatada dedim. "Sen qachondan beri mening yanimda kelyapsan?" deb so'radi. "Qarong'u bosgandan beri" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Sen Allohning payg'ambarini qo'g'digandek, Alloh taolami seni qo'g'disin" dedi. Ondan "Boshqalardan yiroqlab ketdikmi nima? Boshqalar ko'rinmaydi-ku" dedi. Men "O yerda uloqliq bir ketyapti. Mana bu yerda biri bor, yana biraydan o yerda ketyapti" dedim.
Atrofdagilar yanimizga keldi. 7 kishi bo'lib yo'limizni birga almashtirdik. Yana bir az yo'l mangandan keyin payg'ambar alayhissalom yo'l bo'yida to'xtab orom olmoqchi bo'ldi-da bizga "Agah bo'linglar, namozni qochirib qo'ymayli" dedi. Hammamiz uyquga ketgan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tunji bo'lib uyg'ondi, lekin quyosh nuri uning dumisiga tushib turardi. Hammamiz cho'chib uyg'ondik. Payg'ambar alayhissalom "Uloqlaringlarga mininglar" dedi. Biz uloqlarimizga minib yo'lga chiqdik. Quyosh o'rlagan chog'da payg'ambar alayhissalom uloqdan tushdi. Mening qachonda azroq suv bor edi. Payg'ambar alayhissalom suvni akaldirib, yengil tahorat oldi. Qochining ichida yana azroq suv qolgan edi. Menga qochongni obdan saqlagan, uning haqida xabar yeyildi dedi. Ondan Bilal namozga azon to'ladi. Payg'ambar alayhissalom 2 rakat sunnat namozdan keyin bomdodning farzini o'qidi. Ondan ulug'iga mindi. Biz mindik. Aramizda namozning vaqtini o'tkazib buning kafarati qandoq bo'lar deb kusuldashgan edik. Payg'ambar alayhissalom "Sizlar meni ulga olsanglar bo'lmadimi? Uxlab qolib bir vaqt o'tib ketsa hech gunoh bo'lmaydi." Uxlab qolib vaqt o'tib ketsa hech gunoh bo'lmaydi. Namozni kechiktirib, yana bir namozning vaqti kelgach o'qimasa, ondan gunoh bo'ladi. Kimki mushunda qolg'i duch kelsa, namozini uyg'onganda o'qib olsin. Ammo atisi vaqtida o'qisin, dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom so'zini davom qilib, jamoatga boshqa safardoshlarni demoqchi nim bo'lgandi, dedi. Qolgan jamoat tong otgandilar o'zlarining payg'ambar alayhissalomdan ayrilib qolganligini bildi. Hazrat Abu Bakr bilan Umar ikkisi payg'ambar alayhissalom orqamizda qoldi. U sizlarni qo'yib bir yerga ketmaydi dedi. Lekin boshqalar yo'q, u oldimiz ketdi dedi. Agar ular Abu Bakr bilan Umarning so'zini anglagan bo'lsa edi, to'g'ri qilgan bo'lardi. Nihoyat kun rosa o'rlab, hamma narsa qilishga boshlaganda ularga yetishib oldik. Ular: "Ey Rasululloh, ussizlikdan o'lay deb qoldik" deyishga boshlagan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, bugun qiynalmaysizlar, ussizlikdanmi o'lmaysizlar, suv qachamni keltiringlar" dedi. Va meningmi suv qachamni so'radi. Ondan mening qachamdagi suvni o'zinikiga qo'yishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom qo'yatdi. Men atrofdagilarga beratdim. Safardoshlarimiz suvni ko'rib, birdamla beshimizga o'lash qiltirdi. Payg'ambar alayhissalom: "Aldirmanglar, hammanglar qanig'ich ichsizlar, suv ichmagan hech kim qolmaydi" dedi. Shuning bilan hammaylar pastga tushdi. Hammaylar suvdan qanig'ich ichgandan keyin payg'ambar alayhissalom menga: "Qani sen ichib olgan" dedi. Men: "Yo'q, sen ichmagicha men hargiz ichmayman" degan edim. "Yo'q, suv quygan kishining eng oxir ichadiganligini bilmamsan" dedi. Shuning bilan avval men ichdim. Ondan payg'ambar alayhissalom qanig'idek ichdi. Shunday qilib hammaylar suv qo'ndi. İmam Buxariyning 169-numurli hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rib, asr namozining vaqti kelib qolgan edi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Asr namozining vaqti kelib qolgan edi. Kishilar tahorat elish uchun suv izlab topolmadi. Payg'ambar alayhissalomning oldiga tahorat suvi keltirildi. Payg'ambar alayhissalom qo'lini suvga tiqib turib, "Bu suv bilan tahorat elinglar" dedi. Men payg'ambar alayhissalomning barmoqlari orasidan suvning etilib chiqayotganligini ko'rdim. Butun jamoat u suvda tahorat oldi. Tahorat olmagan odam qolmadi. İmam Müslimning 2279-numurli hadisida Anas radhiyallohu anhudan qilingan yana bir rivoyatda mundaq deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahoratga suv so'radi. Uningga eg'izi cho'ng bir qoch keltirildi. Kishilar shu suvdan tahorat elishga boshladi. Men ularning sonini 60 dan 80 gacha deb taxmin qildim. İmam Buxariyning 195-numurli hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Namoz vaqti kirdi. Uyi yaqinlar tahorat elish uchun uyga mangdi. Bir qism tahoratsiz kishilar qilib qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir tosh qochida suv keltirildi. Qocha qo'l patmog'idek darajada kichik edi. Hammalar u qochki suvda tahorat oldi. Anasdan shu kuni qancha kishi edinglar deb so'ralgan edi. U 80 necha kishi edik deb javob berdi. İmam Buxariyning 3572-numurli hadisida Anas radhiyallohu anhudan yana mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zavradiki chaqida bir qoch suv keltirildi. Qo'lini suvga tiqdi, barmoqlari orasidan suv bulduqlab chiqib turdi. Kishilar bu suv bilan tahorat oldi. Qatada Anasdan u suvda qancha kishi tahorat oldinglar deb so'ragan edi. Anas 300 dek kishi dedi. İmam Buxariyning 4152-numurli hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Hudaybiya kuni kishilar usab ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida bir qoch bor bo'lib, shu suvda tahorat elib o'tdi. Kishilar payg'ambar alayhissalom tarafga oldirib kelishdi.
Peygamber aleyhisselam sizlarga nima bo'ldi deb so'rashdi. Ular tahorat elish va ichish uchun sening qachonlik suvdan boshqa suyimiz yo'q dedi. Peygamber aleyhisselam qo'lini qachoq tiqqan edi. Suv uning barmoqlari ostidan xuddi buloqdan elib chiqqandek chiqishga boshladi. Hammaylan shu suvdan ichib tahorat oldik. Salim uningdan qancha odam edinglar deb so'ragan edi. U agar 100 ming odam bo'lsaqmi shu suv yetadi. U kuni 1500 odam edik dedi. İmam Buxariyning 2150 numaralı hadisida Bara raziyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Sizlar Alloh taolaning biz sizlarga ro'shan g'alaba ato qildik degan oyatdagi g'alabani Makkaning fath qilinishi deb qaraysizlar. Lekin biz Hudaybiya kunidagi Rizvon bay'atini haqiqiy g'alaba deb qaraymiz. U kuni biz 1400 kishi edik. Hudaybiya bir quduqning nomi bo'lib, shu quduqning yoniga tushgan edik. Qattiq chanqab ketganligimiz uchun quduqning suyini tatib tugitib etdik. Peygamber aleyhisselam bunundan xabar topdi-da, quduq beshiga kelib o'ltirib bir qaç suv so'radi. Suv keltirilgan edi, oldi bilan tahorat elib, ondan og'zini chayqab Alloh duo qildi. Ondan u suvni quduqqa qo'ydi. Bir oz saqlagandan keyin suv bulduqlab chiqishga boshladi. Shuning bilan hammaylan qanoq ichdik va at uloqlarimizni sug'urib oldik. İmam Buxariyning 3579 numaralı hadisida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Biz mo'jizlarni barakat deb qaraydik. Sizlar bo'lsanglar qo'rqitish usuli deb qaraysizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqdik. Suv tugay deb qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom azroq suv tepib kelinglar dedi. Biz bir qachda azroq suv keltirildi. Payg'ambar alayhissalom qo'lini qachiq qo'yib, "Qani barakatli suv kelinglar, barakat Allohdan" dedi. Men Peygamber aleyhisselamның barmaqlar arasından bulduqlab suv chiqayotganligini ko'rdim. Undan boshqa yeyilayotgan taomning tasbih aytayotganligini anglaydik. İmam Müslimning 1729 numaralı hadisida İyas ibn Salamaning dadasidan mundaq rivoyat qilinadi. Biz Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan bir g'azotga chiqdik. Arduq etib qo'rsqimiz echib ketgachga tugillarimizni so'ymoqchi bo'ldik. Lekin Payg'ambar alayhissalom tamoq qachillarimizdan bir yerga yig'ishib bo'yladi. Qachillarimizni yiqqandan keyin Payg'ambar alayhissalomga bir daston silib berdik. Ondan hammamizning oziq-tuligi Payg'ambar alayhissalomning oldidagi dastonga to'kildi. Qanchalik oziq-tulik yig'ilganligini ko'rib beqish uchun bo'ynimni so'zib qaradim va yotgan qo'ychilik borligini taxmin qildim. Biz jami 114 kishi edik. Hammamiz taomdan to'yg'ich yegandan sirat qachillarimizning liq to'ldirib oldik. Ondan Payg'ambar alayhissalom tahoratga suv bormi deb so'radi. Biraylan azroq suv bor, bir evroqni ko'tirib kelgan edi. Uning suvini bir qoshiq to'kib, hammamiz keng tasha tahorat oldik. İmam Müslimning 27-hadisida Abu Said radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Tabuk g'azotida oziq-tulik yetishmagachga kishilar och qoldi. Ular: "Ey Rasululloh, bizga ruxsat qilsang, tugillarimizni so'yib yeb, meyni badnimizga sursak" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq qilinglar dedi. Ondan keyin Umar kelib: "Ey Rasululloh, undaq qilsang, mendigan ular azob ketadi. Sen ularni qo'llaridagi oziq-tuliklarni bir yerga yig'ishib buyurib, barakatli bo'lishiga duo qilgan, Alloh shundoq qilib bergay" dedi. Payg'ambar alayhisalom shundoq qilay dedi va bir daston keltirib uni yerga soldi. Kishilar qo'noq bo'lamdi, bug'doy bo'lamdi, yanada barligi oziqlikni akilib Payg'ambar alayhisalomning oldidagi dastonga qo'ydi. Dastonga ozroq narsa yig'ilgan edi. Payg'ambar alayhisalom u yemaklikning barakatli bo'lishiga duo qilgandan keyin qachillaringlarga elinglar dedi. Kishilar yallarga qachilarning hammasiga to'ldirib olgandan keyin qo'rsoqlar to'yg'ich edi, lekin taom yana eshib qoldi. Payg'ambar alayhisalom: "Men bir Allohdan boshqa ma'budning barhaq yo'qligiga, o'zimning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik beraman. Kimki mushahadat kalimasini shaq qilmagan holda aytib Allohga muloqot bo'ladigan jannatga kiradi" dedi. İmam Müslimning yana bir rivoyatida bug'doyi barlar bug'doy, xurmasi barlar xurma keldi deyilgan. Mujohid: "Uruqchisi barlar uruqcha keldi" dedi. Men ular uruqchini nima qiladi deb so'rasam, Mujohid: "Ular uni shumatdi va orqadan suv ichatdi" dedi. İmam Buxariyning 2102 numaralı hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi.
Xandak qo'llangan chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qo'rsiqi ichib ketganligini ko'rib, ayolimning yoniga kelib, "Yaningda yegidik narsang bormi? Payg'ambar alayhissalomning qo'rsiqi qattiq ichib ketibdi" dedim. U bir sa arpa bor, bir tulumni elib chiqdi. Uyimizda boqqan bir paqlam bor edi. Uni so'ydim. Ayolim arpini tortdi. Men paqlamni so'yib bo'lguncha ayolimmo arpini tortib bo'ldi. Ondan go'shtni parchalab qozonga selitib payg'ambar alayhissalomning yoniga mangan edim. Ayolim buncha oz taomga payg'ambar alayhissalom bilan birga ko'p mehmon boshlab kelib, meni rasvo qilmagan dedi. Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, qulqiga: "Ey Rasululloh, bir paqlinimiz bor edi, shuni so'yib, ozroq arpini tortib tayyorlab qo'ydik. Bir qancha odamni boshlab berib, dasturxonimizga daxil bo'lgan bo'lsang" deb pichirladim. Payg'ambar alayhissalom shu aman: "Ey Xandak ahli, Jabir bizga taom tayyorlabdi. Yuringlar, berib kelayli" deb to'ladi. Ondan menga: "Men barg'icha qozonlarni o'choqdan tushirib etmanglar, xamirdimi non yoqmay turinglar" dedi. Men ulardan burun uyga berib bo'ldim. Ayolim uyga kelayotgan odamning ko'pligini ko'rib, "Alloh jazongni bersin, Alloh seni undoq qilsin, mundoq qilsin" deb qo'shab ketdi. Uningga payg'ambar alayhissalomga sen degandek degan edim dedim. Ayolim payg'ambar alayhissalomga xamirni chiqib berdi. Payg'ambar alayhissalom xamirga suplab bereketlik bo'lishi uchun duo qildi. Ondan qozonga suplab go'shtning bereketlik bo'lishiga duo qildi. Ondan non yoqadigan ayoldan birini chaqirgan, "Men yordamlashib non yoqsin, qozondan sho'rpini ussiyveringlar, ammo qozonni o'choqdan elib etmanglar" dedi. Mingga yaqin odam kelgan edi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, hammaylar go'sht bilan sho'rpadan to'yg'idek yeb ichgan bo'lsa-mu, qozondagi sho'rpa burunqidek turadi. Shuncha ko'p non yoqqan bo'lsaqmi, xamirmi yana shu pit turadi. İmam Müslimning 2040 hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Talha radhiyallohu anhu ayoli Ummu Sulaymdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ovozi bo'sh chiqadi. Qo'rs qochqanda qiladi. Uyda yegidak bir nas bormi deb so'radi. Ummu Sulaym bor dedi va bir qancha arpini elib chiqib yog'liqqa yo'gidi. Ondan mening qo'ltig'imni qistirib, meni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga avatdi. Nonni elib barsam, Payg'ambar alayhissalom bir top jamoat bilan masjidda o'tirgan ekan. Orqa tarafidan aylanib yaqinlab borsam, "Seni Abu Talha avatdimi?" dedi. "Men a" dedim. "Yemeklik uchun avatdimi?" dedi. "Men a" dedim. Payg'ambar alayhissalom elindikilarga "Qani yuringlar" dedi va jamoatni boshlab mandi. Men ularning oldida yetib berib Abu Talhaga ahvolni aytdim. Abu Talha: "Ey Ummu Sulaym, Payg'ambar alayhissalom jamoatni boshlab kelib yetibdi. Ular baragdek bir nas bormi?" deb so'ragan edi. Ummu Sulaym: "Alloh va uning rasuli bilgichidir" dedi. Abu Talha Payg'ambar alayhissalomning oldiga chiqib qarshi oldi. Ondan ikkisi birga uyga kirdi. Payg'ambar alayhissalom Ummu Sulaymga "Uyda nima bo'lsa, shuni olib kelgin" dedi. Ummu Sulaym elqinlarni parchalab bir qachiq silib, ustiga tulumdan yog' to'kib aralashtirdi. Payg'ambar alayhissalom taomni oldiga keltirib duo qildi. Ondan Abu Talhaga 10 kishini chaqirgin dedi. 10 kishi kirib taomdan to'yg'uchi edi. Payg'ambar alayhissalom yana 10 kishini chaqirgin dedi. Yana 10 kishi kirib taomdan to'yg'uchi edi. Ondan yana 10 kishi chaqirgin dedi. Yana 10 kishi kirib to'yg'uchi edi. Shunday qilib butun jamoat to'yg'uchi yeb tomoq yana ishib qoldi. Jami 70 yoki 80 kishi edi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan yana mundaq rivoyat qilinadi. Abu Talha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning masjidda o'ngsiz yotganligini ko'rdi-da, Ummu Sulaymning yoniga kelib, Payg'ambar alayhissalomning masjidda uyan-buyan o'lib yotganligini ko'rdim. Uning qo'rsiqi ochmikin deyman dedi. Hadisning davomi yuqoridagidek bo'lib, davomida mundaq kelgan. Jamoat yeb bo'lgandan keyin Abu Talha, Ummu Sulaym, Anas ibn Maliklar edi. Tomoq yana ishib qoldi. Shuning bilan qo'shnilarga tarqatib berildi. İmam Buxariyning 6452 numurli hadisida Mujohiddan rivoyat qilinadi-ki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: "O'zidan boshqa hech iloh bo'lmagan Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men ochliqdan qo'rsiqimni ziminga chaplaytdim. Ba'zida toshdan olishga majbur bo'latdim. Bir kuni namozdan keyin Payg'ambar alayhissalom va sahobalarining o'tar yo'li ustida o'tirdim. Yenimdan Abu Bakr o'tdi. Uning meni uyiga taklif qilishni ta'ma qilgan holda Allohning kitobidan bir oyat to'g'riq so'radim, lekin u o'tib ketdi. Men kutgandek meni uyiga taklif qilmadi. Ondan Hazrat Umar keldi. Uningmi meni uyiga taklif qilishni ta'ma qilgan holda Allohning kitobidan bir oyat to'g'riq so'radim, lekin u men ta'ma qilgan taklifni bermayla o'tib ketdi. Ondan Abul Qosim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldi. U mendagi alsizlikni ko'rib kulimsirdi. Chiroyimdan ruhiy holatimni aynan bilib ketgan edi. Menga "Ey Abu Hurayra" dedi. Men
"Xo'sh ey Rasululloh" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Qani, men bilan mang'in" dedi. Araqsıga tushib uyga bordim. Payg'ambar alayhissalom hujrasiga kirib ketdi. Ondan meni kirishga chaqirdi. Bir qoshiq sutni ko'rib, "Bu sut nereden keldi?" deb so'ragan edi. "Palonchi yoki ayol sana sovg'a qilib elib kelgan ekan" dedi. Buni olgan Payg'ambar alayhissalom "Ey Abu Hurayra" dedi. Men yana "Xo'sh ey Rasululloh" dedim. Payg'ambar alayhissalom chiqib ahli suffani chaqirib kirgin dedi. Ahli suffa islomning mehmonlari bo'lib, na ayol bolalari, na bararga uy joylari yo'q edi. Lekin ular boshqalardan bir narsalab oldiq bormaydi. Payg'ambar alayhissalom sadiq meni kelsa, hammani ularga bo'lib beradi. Sovg'atlik kelsa, o'zgim ayirib qilib, qolganini tarqitib beradi. Payg'ambar alayhissalomning bu taklifi menga ancha xush yoqmadi, chunki sut oz edi. Uning ustiga bu sutni ichib bir oz o'ngshilishga bek muhtoj edim. Hem buningga hammadan loyiq edim. Ahli suffa shuncha kishi tursa, ozg'in sutni kimga yetadi? Haqiqatan Rasululloh yine meni ularga sut qo'yib berishga buyurdi. Undaq bo'lganda, menga o sutdan nima qolar? Lekin Payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga itoat qilmay bo'lmaydi-da. Shu xiyollar bilan berib ahli suffani chaqirdim. Ular kelib Payg'ambar alayhissalomdan kelishga ruxsat so'radi. Payg'ambar alayhissalom ruxsat bergandan keyin ichiga kirib o'ltirishdi. Payg'ambar alayhissalom "Ey Abu Hurayra" deb chaqirdi. Men "Xo'sh ey Rasululloh" dedim. Sutni bir-birlab sunishga boshladi. Sutni bir-birlab sunishga boshla dedi. Bir boshdan sunug'li boshladim. Qochini birining qo'liga sunatdim. U qanga ichgandan keyin men qaytirib beradi. Yana biriga beratdim. U ichib bo'lib qaytirib beradi. Shunday qilib aylanib Payg'ambar alayhissalomning oldiga yetib keldi. Payg'ambar alayhissalom "Ey Abu Hurayra" dedi. Men "Xo'sh ey Rasululloh" desam, "Sut ichmagan ikkimizli qoldik" dedi. Men "Shundaq to'g'ri aytding" dedim. Manga "Qani senmi o'ltirib ichgin" dedi. Qancha ichdim, yana ichgin dedi. Yana ichdim, yana ichgin dedi. Yana ichdim. Yana ichgin degan edi. "Ey Rasululloh, seni haq payg'ambar qilib o'tgan Alloh taolo qasam qilamanki, endi ichkidek yerim qolmadi" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Undaqda qachon menga bergan" dedi. Qachon bergan edim? Alloh taologa hamd sana aytgandan keyin bismillah deb sutning qolganini ichib etdi. İmam Buxariyning 2618 numaralı hadisida Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. 130 kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga safarga chiqdik. Payg'ambar alayhissalom "Qaysinglarda yegidek bir narsa bor" deb so'ragan edi. Bir odamning yenidan bir sa yoki shuning yaqin un chiqdi. Un yo'g'rildi. Dal shu asnoda yenimizdan chochlari paqib ketgan egiz bo'yliq bir mushrik bir top qo'yni haydab o'tdi. Payg'ambar alayhissalom uningdan "Qo'ylaringni hadiya qilg'ili olib mandingmi, sotqilimi?" deb so'radi. Padichi "Sotaman" degan edi. Payg'ambar alayhissalom qo'ydan birini setilib bo'g'izladi va jigirini olib kavob qildi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, 130 kishi ichidan jigar kavob yegan bir odam qolmadi. Payg'ambar alayhissalom u yerda barlarga berib, yo'qlarga olib qo'ydi. Qo'y go'shidan yo'g'on 2 tovoq taom chiqdi. Hammamiz go'shtni to'yg'icha yedik, lekin yana 2 tovoq tomoq eshib qolgan edi. Qochiq olib tugildirimizga ortib oldik. Tirmizining sahih rivoyatida Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu biz Payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Bir qoch tomoqni etigandan kechgacha ondan mulk navbatlish edik degan edi. Biz etigandan kechgacha isimi tugamaydigan qandoq tomoq o, qandoq qilib shuncha olib ketdi deb so'ragan edik. Samura "Nimaga buncha ular ajablansizlar? Ana o yerdan kelatdi, undaq bo'lgan ekan tugab qoladimi" dedi va qo'li bilan osmonni ishorat qildi. İmam Muslimning 2281-numaralı hadisida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib tomoq talab qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga yarim vasaq arpa berdi. U odam arpani olib berib, ayoli bilan birga yedi va mehmonlarga yegizdi. Ammo eshib qolgan arpani kamlab ilib qo'ydi. Uzoq o'tmayla tugab qoldi. Shuning bilan u odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib ahvolni aytgan edi. Payg'ambar alayhissalom "Agar arpani kamlamay yevergan bo'lsanglar, u sizlar uchun tugmas rizq bo'lgan bo'ladi" dedi. İmam Muslimning 2280-numaralı hadisida Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ummu Malik Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir qachida seriqmay akilib berib, tulumni quruq elib ketdi. Balları uningdan tatliq turum talab qilganda, uyida undaq narsa bo'lmasa, darhol tulum qaraydi va uning ichida seriqmay turganligini ko'radi.
Bir kuni u ayol bolalarga yemeklik bermoqchi bo'lib, tulumni siqdi va shundan e'tiboran tulumdan sariqmay chiqmaydigan bo'lib qoldi. Berib ahvolni bildirganida payg'ambar alayhissalom u ayoldan tulumni siqqanmiding deb so'radi. U ayol ha dedi. Payg'ambar alayhissalom agar tulumni siqmagan bo'lsang, uning ichida davomli bir narsa bo'ladi va asla tugab qolmaydi dedi. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'a bir qancha xurmo elib keldim va ey Rasululloh, bularning barakatli bo'lishi uchun duo qilib qo'ygan dedim. Payg'ambar alayhissalom xurmlarni qo'liga olib, men uchun barakatli bo'lishiga duo qildi. Ondan bularni safar xaltangga solgan, qachoniki uningdan yemoqchi bo'lsang, qo'lingni xaltangga solsang bo'ldi, ammo xurmlarni aralashtirma, chechib o'tma dedi. Men uning deganidek qildim. Allah yo'lda bu xurmlardan bir qancha vasaq ishlatdim. O'zimmi yedim, boshqalarga yegizdim. Toki Osmon radhiyallohu anhu shahid qilingan qadar bu xurmlarni bilimdan ayirmagan edim. Allah hammalarga barakat ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Esqarnaşlar anlayatqanlar Muhammed ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Mecmu'uz Zawaid namlı kitabının 8. tomi. Biz güzel sifatlar ve faziletler bilmini oqyapmiz. Bugün anlaydiganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning duasının icabet bulushi ve düşmanlardan saqlanishiga aloqador sahih hadislar. İmam Buxariyning 3617 numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Hristiyanlardan biri musulmon bo'lib, Sura Baqara bilan Ali Imron'ni o'qishni o'rgandi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelgan vahiylarni yozatdi. Keyin u qayta xristian bo'lib ketib, Muhammad meni yezib bergandan boshqani bilmaydi deb jo'ylashga boshladi. Ko'p etmay Alloh uning jinini oldi. Nasaralar onu kömüp qo'ygan edi, yer onu qo'yniga olmay, atisli ustiga chiqarib o'tdi. Nasaralar bu Muhammad va uning sahobalarining ishi, bu odam ularning dinidan yuz o'rgachga, buning qabrisini qizib yer ustiga tashlab o'tibdi deyishib, yerni texim cho'nqur ko'lab qaytib kömüp qo'yishdi. Atisi yer uni yana ustiga tashlab o'tgan edi. Ular yana bu Muhammad va uning sahobalarining ishi, bu odam ularning dinidan yuz o'rgachga, ular buni qabri sirtiga tashlab o'tgan deyishdi va yerni kuchlarning berish chunqur ko'lab ko'mib qo'yishdi. Atisi ular kelganda zamin uni alliburun ustiga tashlab o'tgan edi. Shuning bilan ular buning odam, ya'ni payg'ambar alayhissalom va sahobalarining ishi emas ekanligini bilib, uning jasadini tashlab o'tdi. İmam Buxariyning 2396 numaralı hadisida Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, uning otasi o'lib ketib, bir yahudiyaga to'ylanadigan 30 vasaq xurmo qarzi Jabirning xizmatiga qolgan edi. Jabir qarzini kechiktirib to'lash uchun Yahudidan muhlat talab qilgan bo'lsa-mu, Yahudi muhlat bergili unumidi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomning kechtirib qo'yishini talab qildi. Payg'ambar alayhissalom Yahudiga Jabir xurmodan chiqqan maslatdan to'lab bersin dedi. Lekin Yahudi buningga unumidi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom Jabirning xurmolik bo'yiga kirib, bu yoqqa mingandan keyin, "Ey Jabir, buning qarzini to'lab o'tgan" dedi. Payg'ambar alayhissalom qaytib ketgandan keyin Jabir 30 vasaq xurmo yig'ib Yahudiga qarzini berib o'tdi. Uning yana 17 vasaq xurmo ishib qolgan edi. Jabir bu ahvolni bildirish uchun payg'ambar alayhissalomning yoniga bordi. Payg'ambar alayhissalom namoz digar o'qitdi. Namozdan keyin 17 vasaq xurmo ishib qolganligini aytgan edi. Payg'ambar alayhissalom buni Umar ibn Xattobga aytib bergan dedi. Jabir berib Umarga aytgan edi. Umar, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xurmolik beg'ingda barakat tilab, u yoq bu yoqqa mengishidilla mushnaq bo'lganligini bilgan edim dedi. İmam Buxariyning 2709 numaralı hadisida bundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i berib ahvolni aytgan edim. Payg'ambar alayhissalom xurmoni uzib bo'rining ustiga yiqqan, ondan men xabar bergan dedi. Men uning deganida qildim. Xabar berdim. Umar va Abu Bakr bilan birga yetib keldi. Xurmoning yanında o'ltirib barakat uchun duo qilgandan keyin, "Amni qarz egildirini chaqirib, buningdan qarzini to'lagan" dedi. Dadamda qarzi borlarning hammasini chaqirib, qarzini to'liq qaytarib berdim. Menga yana 13 vasaq xurmo eshib qolgan bo'lib, 7 vasaq oliy sortliq, qolgan 6 vasaq boshqa sortdan edi. Yoki 6 vasaq oliy sortliq, qolgan 7 vasaq boshqa sortdan edi.
İmam Buxariyning 2781 numaralı hadisida mundaq kelgan. Payg'ambar alayhissalomning huzuriga berib, "Ey Rasululloh, o'zing bilasan, atam Uhud kuni shahid bo'ldi. Gadinda nurg'un qarz bor edi. Qarz egildir bilan bir ko'rishib gap qilib qo'ygan bo'lsang" degan edim. Payg'ambar alayhissalom, "Sen qaytib berib, har sortli xurmini ayrim-ayrim yiqqin" dedi. Payg'ambar alayhissalomning deganda qilgandan keyin xabar berdim. Lekin qarz egillari xurmini oz ko'rib, menga eslab olishdi. Payg'ambar alayhissalom ularning qilganini ko'rib, xurmisi ko'proq bir dovning atrofini 3 qitim aylangandan keyin yeniga o'ltirdi. Andın ularni chaqirgan dedi va ularga bir-birlab kemchallab berishga boshladi. Shunday qilib atamning qarzi butunlay to'yinib bo'ldi. Men atamning qarzini ado qilib olsamla, singillarimi quruq qo'l qaysam rozi bo'lib ketatdim. Lekin Allohning nomi bilan qasam qilamanki, xo'rim dovillari xuddi bir talmi elinmagandek o'z biticha turatdi. İmam Müslimning 2991-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Anam mushrik edi. Men uni islomga da'vat qilatdim. Bir kuni yana da'vat qilgan edim. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqida haqorat so'zlarni qildi. Men yig'ilgan peti payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga borib, "Ey Rasululloh, bugunmi onamni islomga da'vat qilgan edim. Seni haqoratlagan so'zlarni qildi. Abu Hurayraning onasining hidoyatiga duo qilib qo'ysang" dedim. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Alloh, Abu Hurayraning onasiga hidoyat qilgin" deb duo qildi. Payg'ambar alayhissalomning duosi bilan xushxabar umid qilgan holda uyga qaytdim. Eshik taqoq edi. Anam oyoq ovozimni anglab, "Ey Abu Hurayra, bir oz saqlab turgan" dedi. Anam yuyinib, kiyimlarini kiyib, beshiga yog'li qatib chiqdi va "Ey Abu Hurayra, men bir Allohdan boshqa ilohning barhaq yo'qligiga va Muhammadning Alloh taolaning bandasi va haqiqiy payg'ambar ekanligiga guvohlik beraman" dedi. Men xushalliqda yig'ilgan holda payg'ambar alayhissalomning yoniga bordim va "Ey Rasululloh, xushxabar, Alloh duoyingni ijobat qilib, Abu Hurayraning onasini hidoyat qildi" dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh hamdini sano aytdi va "Yaxshi bo'pti" dedi. Men "Ey Rasululloh, mu'min bandalarning meni va onamni qizg'in suyishiga, bizningmi ularning qizg'in suyishimiga duo qilsang" degan edim. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Alloh, mu'min bandalaringga Abu Hurayra va onasini qizg'in suydirgin, ularga mu'min bandalaring qizg'in suydirgin" deb duo qildi. Shunga meni ko'rgan yoki anglagan har qanday mu'min kishi meni qizg'in do'st tutadi. İmam Buxariyning 3540-numaralı hadisida Juayd ibn Abdurrahmondan mundaq rivoyat qilinadi. Men Sa'ib ibn Yazid radhiyallohu anhumaning 94 yoshga kirib nihoyat teman va sog'lom turganligini ko'rdim. U mundaq dedi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning duosining barkatidan mushunaq turibman. Ammo meni payg'ambar alayhissalomning oldiga olib berib, 'Ey Rasululloh, jiyanimning biqiniga sanjiq turib qolyapti, uning duo qilib qo'ysang' degan edi. Payg'ambar alayhissalom menga duo qilib qo'ydi." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Zayd ibn Axtab mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuzimni silab qo'ydi va men uchun duo qildi. Azra mundaq degan: u, ya'ni Abu Zayd 120 yoshgacha yashagan bo'lsa-mu, chechiga bir tam oq kirmagan edi. İmam Müslimning 2797-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Jahl Muhammad aranglarda sajda qilamdi deb so'radi. Uningga ha deb javob berilgan edi. U Lat va Uzza bilan qasamki, men uning sajda qilganini ko'rsam, gadniga dessab yuzini yerga surib o'taman dedi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan chog'da Abu Jahl kelib qoldi-da, payg'ambar alayhissalomning gadniga desmoqchi bo'ldi. Lekin u qo'llarini shiltigan holda keyniga dojidi. Uningdan "So'ng bo'ldi" deb so'ralgan edi. Muhammad bilan mening aramda bir o'tli qon paydo bo'ldi. Ondan qo'rqinchli qanotlarning men qarab kelayotganligini ko'rdim deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar u menga yaqinlashgan bo'lsa, farishtalar uni qiyinchilik qilayotgan bo'ladi dedi. Uzun o'tmay Alloh taolo bu vaqtda bu oyatlarni nozil qildi. Shak shubhasiz inson o'zini boy sanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rastla adidan oshidi. Ey inson, boradigan yering Parvardigoringning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomning to'sqan odamning holini menga aytib bersang-chi, men uning holini aytib bersang-chi. Agar u haddidan oshqicha namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'l bo'lgan bo'lsa yoki taqvodorlik amr qilgan bo'lsa, bu uning uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersang-chi. Agar u Qur'onni inkor qilsa, iymondan yuz o'rsa, Allohning uni ko'rib turganligini bilmadimi? U gumrohlikda yonsin. Agar u buningda yonmasa, cho'qim uning ko'kolusidan, yolg'onchi gunohkorning ko'kolusidan tutib jahannamga so'raymiz.
U o'zining so'rindoshlarını yordamga chaqirsin. Biz zabaniylar, ya'ni jahannamning kuchli qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz. Bu fojir gumrohlikdan yansin, uningga itoat qilmag'in. Allohga sajda qilgin. Shuning bilan Allohga yaqinlik hosil qilgin. İmam Müslimning 843 numurluq hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan billa Najd tarafga yurish qildik. Biz quyuq bir daraxtzorlikqa yetib berib, aram elvatqanimizda Payg'ambar alayhissalom orqamizga yetishib keldi va bir tut daraxtning ostiga tushib qolishini daraxt shayx ilib qo'ydi. Boshqalarimiz saylash uchun birdan daraxt ostiga ketdi. Hadisning oxiri Payg'ambar alayhissalomning bunu so'zlari bilan davomlashdi. Uxlavatsam bir kelib qilichimni qo'liga olib oldi. Uyg'onib ketib qarasam, qilichim uning qo'lida parqab turg'udak. U "Endi seni kim qutuldira olaydi?" deb so'radi. Men "Alloh" dedim. Shuning bilan u qilichni qiniq soldi. Ana o yerda o'tirgan odam shu dedi va uni kechirib o'tdi. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qardoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Maghribining Jam'ul Fawaid min Jami'ul Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Anglaydiganinglar go'zal sifatlar ve fazilatlar bölümü. İmam Müslimning 315 numurluq hadisida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin azadgardisi Savban radiyallahu anhu'dan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında turatdim. Yahudilarning alimlaridan biri kelib, "Assalamu aleyke ey Muhammed" dedi. Men uni shundaq qattiq ittirdimki, o santilib ketdi. Ondan menga "Meni nimishqa ittirasan?" dedi. Men "Nimishqa ey Allohning payg'ambari demaysan" degan edim. O "Biz uni ota-onasi qo'ygan ism bilan chaqiramiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom "To'g'ri, ota-onam menga Muhammad deb ism qo'ygan" dedi. U Yahudi "Men sendan savol so'rag'ili keldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Bergan javobimning sana foydasi bo'lamdi" deb so'radi. U Yahudi "Quloq solib anglayman" dedi. Payg'ambar alayhissalom qo'lidagi tayoq bilan yerga jijigandan keyin "Qani so'rg'in" dedi. Zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanib ketadigan kunda insonlar nerede bo'ladi? Pilsirat ko'rikining yanida qorong'ulikda bo'ladi. Uningdan tunji bo'lib kim o'tadi? Muhojirlarning faqirlari o'tadi. Ular jannatga kirganda mukofoti nima bo'ladi? Beliqning jigiri bo'ladi. Undan keyingi g'izosichi ularga jannatning o'tchoplaridan yegan jannat buqisi bo'g'izlandi. Ularning ichimlikichi salsabil deb atilgan buloqdan bo'ladi. Rost aytding, men endi sendan yer yuzida faqat payg'ambar va bir yoki ikki kishini bildigan ish to'g'riliq so'rayman. Bergan javobimning sana foydasi bo'larmi? Quloq solib anglayman. Savolim shu: bola qandoq paydo bo'ladi? Erning spermisi eqish, ayolning sarg'ishi bo'ladi. U ikkisi qo'shilganda erning spermisi ustun kelsa, turalma Allohning izni bilan o'g'il bo'ladi. Ayolning spermisi ustun kelsa, turalma Allohning izni bilan qiz bo'ladi. Buni anglagan Yahudi "Rost aytding, sen haqiqiy payg'ambar ekansan" dedi-de qaytib ketdi. U ketgandan keyin payg'ambar alayhissalom "Bu Yahudi so'rgan savollar haqida hech nima bilmaydim. Alloh menga shu vaqtning o'zida o'rgatdi" dedi. İmam Buxoriyning 3329 numurluq hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Madinaga yetib kelganligidan xabar topgan Abdullah ibn Salam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Men sendan payg'ambardan boshqa hech kishi bilmaydigan 3 masala to'g'risida so'ramoqchi. Qiyomatning dastlabki alomati qaysi? Jannat ahli dastlab yeydigan taom qaysi? Nima sababdan bola otasiga o'xshaydi va ba'zida ona taraf tog'alariga o'xshab qoladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom "Texi bayila Jibril bu savollarning javobini aytib bergan edi" dedi. Abdullah ibn Salam "U, ya'ni Jibril Yahudilar dushman ko'radigan farishtadir" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Qiyomatning eng dastlabki alomati shuki, bütün insonlarni sharqdan g'arbga suradigan bir parcha o't paydo bo'ladi. Jannat ahli dastlab yeydigan taom beliq chigiridir. Bolaning kimga o'xshishiga kelsak, er kishi ayol kishi bilan birga bo'lganda, ma'nisi ayolninkidan burun kelsa, bola erga o'xshaydi. Ayolning burun kelsa, bola ayolga o'xshaydi" dedi. Abdullah ibn Salam buni anglab, "Men sening Allohning rasuli ekanligingga guvohlik beraman" dedi. Ondan
Ey Rasulullah, Yahudiler bekim yalğançı ve bohtançı millet. Sen onlardan mening kimligimni so'rab bo'lguncha musulmon bo'lganligimni bildirmagin. Bo'lmasa ular meni sening huzuringda qaralaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom shunday qilmoqchi bo'ldi. Ko'p o'tmay Yahudilar yetib keldi. Abdullah ibn Salam yoshirinib oldi. Payg'ambar alayhissalom Yahudilardan Abdullah ibn Salam qandaqroq kishi deb so'radi. Ular, u bizning eng bilimli kishimiz ham eng bilimli kishimizning o'g'li, shunaqla eng asl kishimiz va eng asl kishimizning o'g'li deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom agar u musulmon bo'lsa, buning qanday qaraysizlar deb so'rgan edi. Ular Alloh uni undaq bo'lib qolishini saqlag'ay deydi. Shuning bilan Abdullah ibn Salam yoshirinib olgan yerdan chiqib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh" deb shahodat aytdi. Ular bu bizning oramizdagi eng o'sal kishi va eng o'sal kishining o'g'li deb tilashga boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning har xil mo'jizalari, ömrü ve balalık hakkındaki bayanlar. İmam Müslim'nin 3015 numaralı hadisinde Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhumadan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen meni payansız bir vadi toxtuduq. Peygamber aleyhisselam taharatını sunduruş üçün mağdı. Menmu bir evriqli su elip onun keyindin mağdım. Etrafta daldılanıqdak bir nas görünmeydi. Birdilla vadinin nerisindeki ikki tüp daraxtni gördü de, o daraxtlarning yanıga berip, birinin şexini tutup, Allah'ның izi bilan bo'ysungan dedi. Shuning bilan u shax burniga chuliklangan va egisiga toza ko'ndirilgan tugidek egildi. Ondan payg'ambar alayhissalom yana bir tüp daraxtning shaxidan birini tutib, uningmi Allohning izi bilan bo'ysungan dedi. U mu shunday qildi. İkisi egilib yerim bo'lganda payg'ambar alayhissalom giralishinglar dedi. İkki shax giralishib atrofni butunlay to'sidi. Men payg'ambar alayhissalomning mening yaqinda ekanligimni bilib, yiroqlab ketishidan ansirab yugurib ketdim va bir yerda o'ltirib o'z-o'zimga gap qilishga boshladim. Bir ozdan keyin ko'zimga g'ilpal bir narsa ko'ringandek qildi. Qarasam, payg'ambar alayhissalom kelayotgan ekan. Daraxt shoxlari bir-biridan ayrilib asli holatiga qaytibdi. Payg'ambar alayhissalom yiqilishib kelib bir yerda to'xtadi va pastga birdan qarayotgandan keyin "Ey Jabir, hozir turgan o'rnimni ko'rdingmi?" deb so'radi. Men "Ha" dedim. Payg'ambar alayhissalom shu daraxtlarning qishiga berib, har biridan birdan shox kesgan. Ondan hozir men turgan joyga elib kelib, birini o'ng tarafga, yana birini so'l tarafga tikib qo'ygan dedi. Men o'rnimdan turib bir tal toshni qo'limga oldim va uni chiqib, surkab ittiklatdim. Ondan daraxtning qishiga berib ikki tal shox kesdim. Ondan o ikkisini payg'ambar alayhissalom turgan joyga elib berib, o'ng tarafga birini, so'l tarafga birini tikdim. Ondan payg'ambar alayhissalomga yetishib olib, "Ey Rasululloh, amrimni bajo keltirdim. Meni nima uchun undaq qilish buyurding?" dedim. Payg'ambar alayhissalom, "Men u yerda ichidagilar azoblanayotgan ikki qabrning yonidan o'tib qoldim. Mening shafaatim bilan ularning sen tikkan yo'l shoxlari qurib ketkichi bo'lsa-mu, aram tepib qolishni umid qildim" dedi. Yo'limizni davomlashtirib, askarlar yig'ilgan yerga yetib bordik. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Jabir, suv akelgin" dedi. Men "Diqqat, tahorat suvi bormi?" deb uch qitim to'ldim. Lekin hech kimdan sado chiqmadi. Ansarilardan biri bir tal yog'och asquga esib olgan ko'n tulumida payg'ambar alayhissalom suv sovutib berdi. Payg'ambar alayhissalom uni yodiga ilib, "Ey ansarining yoniga, u ansarining yoniga berib baqqan, balki uningda suv bo'lishi mumkin" dedi. Uning yoniga bordim. Tulumning ostida ozg'in suv qolgan ekan. U suvni qochib qo'ysam, tulumning qurib ketgan yerlarining u suvni simirib olishini ansirdim-da, payg'ambar alayhissalomning yoniga qaytib berib, ahvolni aytdim. Payg'ambar alayhissalom tulumni yanimga olib kelgin dedi. Tulumni olib keldim. Payg'ambar alayhissalom tulumni muborak qo'liga olib, men bilmaydigan duolarni qilgandan keyin siqdi. Ondan "Ey Jabir, cho'nqach keltirgin" dedi. Men darhol "Ey qo'shinning suvchisi" deb faqirdim. Darhol cho'nqach keltirildi. Payg'ambar alayhissalom muborak qo'lini u qachiqqa silib, barmoqlarini ochgan holda tagiga tekkizdi. Ondan "Ey Jabir, tulumdagi suvni bismillah deb buni to'kkin" dedi. Bismillah deb to'kishga boshladim. Suv payg'ambar alayhissalomning barmoqlari orasidan xuddi buloqdan chiqqandek etilib chiqishga boshladi va birdamning ichida cho'ng qacha liq to'ldi. Ondan "Ey Jabir, suvga ehtiyoji borlarni chaqirgin" dedi. Hammalar durrida yetib keldi va suvdan qanoq ichdi. Suv ichmaganlar bormi deb faqirdim. Hech kim javob bermadi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom qo'lini qachidan chiqardi. Qacha yana liq-miliq turadi. Keyin kishilar ochliqdan shikoyat qilishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom, "Alloh patiqini sizlarga taom ato qilg'ay" dedi. Nihoyat dengiz bo'yiga yetib bordik. Dengiz to'lqinlari nihoyat yo'g'on bir maxluqni sayol chiqarib tashladi. Uning yerimiga o't yoqib pishirdik va to'yg'ich yedik. Men
Palanchi ve palanchi 5 kişinin ismini atadı. Onun bilen onun közlüğünün içine girip otursak bizni hiç kim körelmedi. Qo'rg'ulardan birini ajratib ya shaklda tiklidik. Ondan ichimizdagi eng bestik odam eng yo'qon tökki mindirib uning ostidan o'tkazdik. U beshini egmayla o'tib ketdi. İmam Müslim'nin 2008 numaralı hadisida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom bilan Minada tursak oy ikkiga bo'lindi. Bir partisi tog'ning orqa tarafida, yana bir partisi old tarafida edi. Payg'ambar alayhissalom buning guvohlik bo'linglar dedi. İmam Buxoriyning 3637 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Mekke müşrikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özlerine bir möcüze görüşünü talep kılgan idi. Peygamber aleyhisselam onlara ayının yerleşini görsetti. İmam Buxariyning 9865 numaralı hadisida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning zamanida ay ikkiga bo'lingan edi. İmam Müslim'nin 2351 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber aleyhisselam Mekke'de 13 yıl turdi. Bu jarayonda onun vahiy nazil bo'lib turdi. Medinada 10 yıl turdi. Peygamber aleyhisselam 63 yaşında vafot bo'ldi. İmam Müslim'nin 2353 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber aleyhisselam Mekke'de 15 yıl turdi. 7 yıl jarayonida g'oyibdan anglaytdi ve ko'ziga nur ko'rinatdi. Qolgan 8 yilda hech nima ko'rinmadi, lekin uningga vahiy nazil qilindi. Madinada 10 yil turdi. İmam Buxoriyning 3902 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında peygamber qilib avatildi ve Mekke'de 13 yıl o'tkazdi. Bu jarayonda vahiy nazil bo'lib turdi. Ondan hijrat qilishga buyurilib, Madinaga hijrat qildi va Madinada 10 yil turib, 63 yoshida olamdan o'tdi. İmam Müslimning 2350 numaralı hadisida Emirdan mundaq rivoyat qilinadi. Men Urvadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de qanchalik turdi deb so'ragan edim. U 10 yil dedi. Men Ibn Abbasning 10 necha yil deganini anglagan edim desam, u Ibn Abbasga Alloh taolodan mag'firat tilgandan keyin Ibn Abbas buni shoirning so'zidan olgan dedi. İmam Müslim'nin 2348 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vafot bo'ldi. Abu Bakr ve Ömer mu ham 63 yaşında qabzruh qilindi. Tirmizining sahih hadisida Tirmizi Jarirdan rivoyat qiladi-ki, u Muaviya radhiyallohu anhuning xutba so'zlab o'tib, Peygamber aleyhisselam 60 yaşında vafot bo'ldi. Abu Bakr bilan Ömer mu shu yoshda vafot bo'ldi. Men mu bu yıl 60 yaşta diyerken anlagan. İmam Müslim'nin 2316 numaralı hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Oğlum İbrahim tehi emcekten ayrılmay turib ölüp ketdi. Cennette onun 2 enik anısı bar bulup, ular İbrahim'nin 2 yıllık emceksini tuluqlaydı. Çünkü onun oğlum İmam Buxoriyning 6194 numaralı hadisida İsmail'dan mundaq rivoyat qilinadi. Men İbn Abu Avfa radhiyallohu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning o'g'li İbrahimni ko'rganmiding deb so'ragan edim. U İbrahim kichkina o'lib ketgan. Navoda Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem bundan keyin Peygamber kelishiga hukm qilingan bo'lsa edi, Peygamber aleyhisselamning bolasi yashagan bo'ladi. Lekin Peygamber aleyhisselamdan keyin Peygamber kelmaydi dedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ez qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zavaid namı kitabının 8. tomi. Hazır anlaydıqanlar sahabelerinin ortaq faziletleri. Allah onlarning hammasi razı bo'lsin. İmam Buxoriyning 2651 numaralı hadisida İmran ibn Hüseyn radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İnsanlarning eng xayrligi mening davrimdagilar, ya'ni sahabelardir.
Undan qalsa ulardan keyin keldiganlar, ya'ni tabiinlar. Undan qalsa ulardan keyin keldigan tabiinlardır. İmran Peygamber aleyhisselamның 2 yoki 3 əsrini tilga alganligini unutub qalgan. Peygamber aleyhisselamның sözü mundaq davamlaşıdı. Ulardan keyin shundaq bir qavm keldiki, ulardan guvohlik talab qilinmasimi, yolg'on guvohlik beradi. Omonatga xiyonat qiladi. Hech kim ularga ishonmaydi. Nazri uchun atoq mol ataydi, lekin nazrisini ado qilmaydi. Ularning ichida semiz odamlar ko'p bo'ladi. İmam Buxariyning 3649 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Shundaq bir zaman keladi-ki, bir top kishi g'azotga chiqadi. Ulardan aranglarda Payg'ambar alayhissalom ko'rganlar bormi deb so'raladi. Ular ha bor deydi. Shuning fazilati bilan ularga fatih muyassar qilinadi. Ondan keyin bir zaman keladi-ki, yana bir top kishi g'azotga chiqadi. Ulardan aranglarda Payg'ambar alayhissalomning sahobalariga amroh bo'lganlar bormi deb so'raladi. Ular ha bor deydi. Shuning fazilati bilan ularga fatih muyassar qilinadi. Undan keyin yana bir zaman keladi-ki, yana bir turkum kishi g'azotga chiqadi. Ulardan aranglarda sahobalarga amroh bo'lganlar bormi deb so'raladi. Ular ha bor deydi. Shuning fazilati bilan ularga fatih muyassar qilinadi. İmam Müslimning 2532 numaralı hadisida mundaq kelgan. Ondan 4-chi turkum kishilar jihatga chiqadi. Ulardan aranglarda Payg'ambar alayhissalomning sahobalariga amroh bo'lganlar bormi deb so'raldi. Ular ha bor deb javob berildi. Shuning fazilati bilan ularga fatih muyassar qilinadi. İmam Müslimning 2541 numaralı hadisida Abu Said radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Xalid ibn Velid bilan Abdurrahman ibn Avf ikkisi jidallashib qilib, Xalid Abdurrahmanni tiladi. Buni anglagan Payg'ambar alayhissalom: "Mening sahoballarimni tillamanglar. Biringlar Uhud tog'ichilik oltin sadiq qilsimi, ulardan biri sadiq qilgan bir mut chaqliq narsaning savobiga, hatto uning yarimiga erisha olmaydi" dedi. İmam Müslimning 3022 numaralı hadisida Hisham ibn Urva dadasidan mundaq rivoyat qiladi. Ayşe radhiyallohu anha menga: "Ey hemşiremning o'g'li, ular Qur'onda Payg'ambar alayhissalomning sahobalari uchun istighfor aytish buyurilgan edi, lekin ularni tillayotdi" dedi. İmam Müslimning 2531 numaralı hadisida Abu Burayda dadasidan mundaq rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan namoz shamni o'qidik. Ondan xutbannimi Payg'ambar alayhissalom bilan o'qimoqchi bo'lib o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalom chiqib, "Taqicha bu yerda o'ltiribsizlar-ku" deb so'radi. Biz: "Ey Rasululloh, sen bilan namoz shamni o'qidik, xutbannimi sen bilan birga o'qimoqchi bo'lib o'ltirdik" dedik. Payg'ambar alayhissalom: "Yaxshi qilibsizlar" dedi. Ondan beshini ko'tarib osmonga qaradi. U ko'pincha hollarda shunday qiladi. Ondan yulduzlar osmonning qo'g'g'uchilari. Agar ular yo'qolib ketsa, osmon halokatga uchraydi. Men sahabalarimning qo'g'g'uchilariman. Men ketsam, sahabalarimning beshiga va'da qilingan qo'rqinchli ish keladi. Sahabalarim ummatimning qo'g'g'uchilari. Ular ketsa, ummatimning beshiga va'da qilingan qo'rqinchli ish keladi, dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Said ibn Zayd radhiyallohu anhu valilardan birining yanida biraylarning Hazrati Aliga til tekkizayotganligini anglab qoldi-da valiga: "Men sening huzuringda Payg'ambar alayhissalomning sahobalariga til tekkizilayotganligini anglayapman. Sen un chiqmay tursan-ku. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Osman jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr ibn Avvam jannatda, Said ibn Malik jannatda, Abdurrahman ibn Avf jannatda, Abu Ubayda jannatda." Onuncusu kelganda Said jim turib qoldi. Uningdan "O'yinchisi kim?" deb so'rashdi. U Said ibn Zayd, ya'ni o'zini demoqchi. Ularning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bir qatim g'azotga qatnashib, yuziga to'p qo'ndirishning o'zila biringlarning Nuh alayhissalomning 950 yil yashab, butun umri bo'yicha amal ibodat qilishdan afzaldir, dedi. Termizining sahih rivoyatida bundaq deyilgan: Said yuqoriq 9 sanab bo'lib 10-sida shukturdi. Ular Allohning nomidan so'raymizki, 10-si kim degan edi. U: "Sizlar Allohning nomidan so'rdinglar, menmi jannatda, ya'ni 10-si men" dedi.
İmam Müslimning 2403 numaralı hadisida Said ibn Musayyib'den rivoyat qilinadiki, Abu Musa radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men tahorat elib uydan chiqdim va bugun payg'ambar alayhissalom hamroh bo'laman, uningdan bir qadam ayrilmayman deb o'ylab masjidga berib, payg'ambar alayhissalomni so'rasam, uning chiqib ketganligini va qaysi taraf ketganligini aytishdi. Payg'ambar alayhissalomni izlab yurib, Aris quduqining yoniga keldim va xo'rim shoxlaridan yasalgan eshik oldida saqlab turdim. Payg'ambar alayhissalom oshini ravo qilib chiqib, tahorat oldi. Ondan yeniga berib qarasam, payg'ambar alayhissalom pushqini turibib, putlarini quduqning ichiga sangiltib o'ltiribdi. Uning salom bergandan keyin eshik oldiga kelib o'ltirdim. Ichimda bugun payg'ambar alayhissalomning qaroqligini qilaman deb o'yladim. Oradan ko'p o'tmay Abu Bakr kelib ishni qaqdi. "Kimsan?" deb so'ragan edim. "Men Abu Bakr" dedi. Biroz kutib turgan dedim va payg'ambar alayhissalomning oldiga berib, "Ey Rasululloh, Abu Bakr keldi, ishga kirish uchun ijozat so'rayotdi" dedim. Payg'ambar alayhissalom ruxsat qilgan va uning jannat bilan xush bishorat bergan dedi. Ishga oldiga berib, "Ey Abu Bakr, qani kirgin, payg'ambar alayhissalom sana jannat bilan xush bishorat berdi" dedim. Abu Bakr payg'ambar alayhissalomning qishig'i bordi va pushqashlarini turib, payg'ambar alayhissalomning o'ng tarafida putlarini quduqqa sangiltib o'ltirdi. Men joyimga qaytib berib o'ltirdim. Qarinishim uyda tahorat elib qolgan edi. Uningga orqamdan kelishini aytgan edim. O'z-o'zimga, agar Alloh taolo palonchiga yana qarinishimga yaxshilik ato qilmoqchi bo'lsa, uni bu yerga keltirdi deb o'yladim. Ko'p o'tmay Umar kelib ishini qaqdi. "Kimsan?" deb so'ragan edim. "Men Umar" dedi. "Biz bir oz ta'xir qilib turgan" dedim va payg'ambar alayhissalomning oldiga berib, "Ey Rasululloh, Umar keldi, ichiga kirish uchun ijozat so'rayotdi" dedim. Payg'ambar alayhissalom ruxsat qilgan va uningga jannat bilan xush bishorat bergan dedi. Ishga oldiga berib, "Ey Umar, qani kirgin, payg'ambar alayhissalom sana jannat bilan xush bishorat berdi" dedim. Umar payg'ambar alayhissalomning qishig'i bordi va puchqashlarini turib, payg'ambar alayhissalomning so'l tarafida putlarini quduqqa sangiltib o'ltirdi. Men yana o'rnimga qaytib berib o'ltirdim. Yana xayolimda, agar Alloh taolo palonchiga, ya'ni qarinishimga yaxshilik ato qilmoqchi bo'lsa, uni bu yerga keltirdi deb o'yladim. Yana biri ish qaqdi. "Kimsan?" deb so'ragan edim. "Men Osman" dedi. Biroz ta'xir qilib turgan dedim va payg'ambar alayhissalomning oldiga berib, "Ey Rasululloh, Osman keldi, ichiga kirish uchun ijozat so'rayotdi" dedim. Payg'ambar alayhissalom ruxsat qilgan va uningga bir baloga yo'liqqandan keyin jannatga kirdiganligidan xush bishorat bergan dedi. Derhal ishga oldiga berib, "Ey Osman, qani kirgin, payg'ambar alayhissalom sening bir baloga yo'liqqandan keyin jannatga kirdiganligidan xush bishorat berdi" dedim. Osman kirib payg'ambar alayhissalomning ikki yenidan bo'sh o'rin topolmay, ularning o'dliq o'tib o'ltirdi. Said mundaq dedi: "Men buni ularning qabrisining shundoq bo'lganligining bishorat ekan deb tushundim. Chunki payg'ambar alayhissalom, Abu Bakr va Umar uchining qabrisi yonma-yon, Osmanning qabrisi ayrim qo'yilgan." Yana bir rivoyatda men bugun payg'ambar alayhissalomning darvozasida bo'laman va alanki payg'ambar alayhissalom men undaq qilish buyurgan edi deb kelgan. İmam Buxariyning 3695-numaralı hadisida Abu Musa radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan yana bir rivoyat mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir bog'ga kirib, meni bog' ishkini beqishga buyurdi. Biri kelib ijozat so'radi, payg'ambar alayhissalom ijozat qilgan va uning jannat bilan bishorat bergan dedi. Qarasam Abu Bakr ekan. Ondan yana biri kelib ijozat so'radi, payg'ambar alayhissalom ijozat qilgan va uning jannat bilan bishorat bergan dedi. Qarasam u Umar ekan. Ondan yana biri kelib ijozat so'radi, payg'ambar alayhissalom sal jim turib olib, ondan ijozat bergan va uning bir baloga yo'liqqandan keyin jannatga kirdiganligidan bishorat bergan dedi. Qarasam u Osman ekan. Asimning rivoyatida mundaq kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quduq boshida ikki tizini echib o'ltiratdi. Osman kirganda tizlarini darhol yepib oldi. İmam Müslimning yana bir rivoyatida payg'ambar alayhissalom Madina bog'laridan birining ichidagi suv bo'yida qo'lidagi tayoqni suvga sanjib o'ltiratdi deb kelgan. İmam Müslimning 2417-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Talha va Zubayr yeratag'ining ustida ketayotdi, bir parcha Qur'on tosh midirlab ketdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom "Shukturgan, chunki ustingda payg'ambar, siddiq va shahid bor" dedi. Yana bir rivoyatda Said ibn Waqqas radhiyallohu anhu bor edi deyilgan.
İmam Buxariyning 3699-numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Umar va Usmonlar Uhud tog'iga chiqqanda tog' tavirgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Uhud, tavirma, chunki ustingda bir payg'ambar, bir siddiq va ikki shahid bor" deyildi. Tirmizining sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ummatimning eng rahimdili Abu Bakr, Allohning amrida eng ching turgan Umar, eng ayoliqi Osman, halol va haromni eng yaxshi bildigani Muaz ibn Jabal, eng parhezkori Zayd ibn Sabit, Qur'onni eng yaxshi o'qiydigani Ubay ibn Ka'bdir. Har bir ummatning omonatdori bo'ldi. Bu ummatning omonatdori Abu Ubayda ibn Jarrahdir." İmam Buxariyning 4999-numaralı hadisida Masruhdan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumaning yanida Abdullah ibn Mas'udning gapi bo'ldi. U: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Qur'onni 4 kishidan o'rganinglar. Ular Abdullah ibn Mas'ud, Abu Uzayfaning azodkardisi Salim, Ubay ibn Ka'b, Muaz ibn Jabal deganligini anglagan edim." Tirmizining sahih rivoyatida Yazid ibn Umayradan mundaq rivoyat qilinadi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu sakrat tushib qolgan chaqda uni yo'qlab kirib, bizga vasiyat qilgan dedik. U: "Meni o'ltirg'izinglar" dedi. O'ltirgandan keyin: "Haqiqatan ilm bilan iymon o'z o'rnida bo'ladi. Kim izdansa uni topalaydi" dedi va bu so'zni 3 qatim takrorladi. Ondan: "Ilmni 4 kishidan o'rganinglar. Ular Uvaymir Abu Darda, Salman Farisi, Abdullah ibn Mas'ud va Abdullah ibn Salam qatorliqlar. Abdullah ibn Salam asli Yahudi edi, keyin musulmon bo'ldi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning u Abdullah ibn Salam jannatdagi 10 kishining 10-chisi deganligini anglagan edim" dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Haysama ibn Abu Sabradan mundaq rivoyat qilinadi. Madinaga kelib, Alloh taolaning menga solih va yarmroq suhbatdosh nisb qilishini tiladim. Menga Abu Hurayra nisb qildi. Abu Hurayraning yanında o'tirib, Allohdan bir solih va yarmroq suhbatdosh nisb qilishini tilagan edim. Menga sen nisb qildi dedim. U: "Sen nereden?" deb so'radi. Men Kufadan bu yerga ilm o'rgangil keldim degan edim. U: "Sizlarning oranglarda duosi ijobatlik Said ibn Malik, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tahorat suyi va kashiga mas'ul bo'lgan Ibn Mas'ud, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sirdoshi Uzayfa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning e'tiqoniga ko'ra Allohning yordami bilan shaytondan saqlangan Ammar va 2 kitob ahli Salman yo'qmi?" dedi. Qatada 2 kitob degan iboradan Injil bilan Qur'on ko'rsatilgan dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Uzayfa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida o'ltiratdiq, u mundaq dedi: "Oranglarda yana qanchalik turdiqligimni bilmayman. Mendan keyin 2 kishiga ergishinglar" deb Abu Bakr bilan Umarga ishorat qildi. Ammar boshlagan yo'lda meninglar, Ibn Mas'udning aytganlarini tasdiqlanglar. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Bakr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bugun qaysinglar tush ko'rdinglar?" deb so'ragan edi. Biraylan: "Men ko'rdim" dedi va tushni anglashga boshladi. Tushimda osmondan bir tarozi tushganligini ko'rdim. Abu Bakr ikkinlar tortilganinglar, sen Abu Bakrni ig'ir bosding. Ondan Abu Bakr bilan Umar tortilgan edi. Abu Bakr Umarni besib ketdi. Ondan Umar bilan Osman tortilgan edi. Umar Osmanni besib ketdi. Ondan taroz ko'tarilib ketdi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning taroz ko'tarilib ketdi degan so'zni anglab, chiroyining o'zgarib ketganligini ko'rdik. İmam Buxariyning 3679-numaralı hadisida Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Men tushimda jannatga kiribdiman. Qarasam Abu Talhaning ayoli Rumaysa turg'udak. Yana birining oyoq tevishini anglab qolib, bu kim deb so'rasam, farishta Bilal dedi. Bir qasrni ko'rdim. Hovlisida bir qiz turardi. Bu qasr kimning deb so'rasam, farishta Umarning dedi. Kirib ko'rib boqmoqchi bo'ldim-yu, sening kundashligingni o'ylab qilib kirmadim" degan edi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, ota-onam sana fido bo'lsin, sendanmi kullamdiman" deb ketdi.
İmam Buxariyning 3697 numaralı hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida Abu Bakrga hech kimni tan qilmaydiq. Uningdan qolsa Ömerga, uningdan qolsa Osmonga tan qilmaydiq. Ulardan boshqalarga kelsa, birini yana biridan ustun ko'rmaydiq. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Abu Bakr nimadiga yaxshi odam, Umar nimadiga yaxshi odam, Abu Ubayda ibn Jarrah nimadiga yaxshi odam, Usayd ibn Zayr nimadiga yaxshi odam, Sabit ibn Qays nimadiga yaxshi odam, Muaz ibn Jabal nimadiga yaxshi odam, Muaz ibn Amr Jamuh nimadiga yaxshi odam. İmam Buxariyning 3857 numaralı hadisida Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhumadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tunji ko'rgan vaqtimda uning yanida musulmon bo'lgan 5 qul, 2 ayol va Abu Bakrdan boshqa hech kim yo'q edi. İmam Müslimning 2504 numaralı hadisida Aiz ibn Amr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Sufyan bir top kishi bilan Salman, Suhayb va Bilalning qashiga keldi. Ular Allohning qilishlari Allohning bu dushmanining gardindagi o'rnini tek olmadi dedi. Buni olgan Abu Bakr Qurayshning kattasi va xo'jasiga mushunaq gap qilamsizlar dedi. Ondan Abu Bakr Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qashiga kelib, bo'lingan gaplarni aytgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularni achqiltib qo'ymagansan, unutmaganki, ularni achqiltib qo'ygan bo'lsang, Rabbingni achqiltgan bo'lsin dedi. Abu Bakr derhal ularning yanına berib, "Ey qarindoshlarim, men sizlarni achqiltib qo'ydimmi?" deb so'ragan edi. Ular, "Yo'q, Alloh seni mag'firat qilsin" dedi. İmam Buxariyning 4328 numaralı hadisida Abu Burda otasi Abu Musa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Rana degan joyga yetib bordik. Bilalmi armiz edi. Bir arabiy kelib, "Ey Muhammad, "Mana bergan va'dangni amalga oshirmamsan" dedi. Payg'ambar alayhissalom Hunayn g'animatlarini Jiranada taqsim qilishga va'da bergan edi. Uningga "Sen xush bisharat beray" degan edi. Arabiy "Menga xush bisharatni ko'p berib ketding" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom achchiqlangandek Abu Musa bilan Bilalga "Bu odam xush bisharatni qaytarib o'tdi, sizlar qabul qilinglar" dedi. Ular "Biz qabul qildik" dedi. Payg'ambar alayhissalom bir qacha suv keltirib, uningga ikki qo'lini va yuzini yuvdi. Ondan og'ziga suv elib qachiq purkandan keyin suvdan ichinglar, yuzinglarga, maydonlarga suringlar va xush bisharat ilinglar dedi. Ular qachini elib Payg'ambar alayhissalomning degandek qildi. Ummu Salama perdidan keyin turib, "Ananglargami o'zin demakchi, suvdan qoldirib qo'yinglar" dedi. Ular Ummu Salamaga azroq suv qo'yib qo'ydi. İmam Buxariyning 3639-hadisida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Sahabelardan 2 kishi kechida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yonidan chiqib, uylariga qaytgan edi. Ularning oldida chiroqqa o'xshash 2 nur paydo bo'lib, yo'lni yo'ritib mangdi. Keyin ular ayrilgan edi. Nurma ayrilib, har birining yo'lini toki uyiga kelguncha yo'ritib berdi. İmam Buxariyning 3805 numaralı hadisida kelishicha Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: Usayd ibn Uzayr bilan Abbad ibn Bishir Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida edi. Kechida uning yonidan chiqdi. Davomi yuqorqiga o'xshash. İmam Buxariyning 3704 numaralı hadisida Said ibn Ubaydadan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam Ibn Umar radhiyallohu anhumadan Hazrat Osman to'g'riliq so'ravdi. Ibn Umar uningga Osmanning yaxshi ish izlarini so'zlab bergandan keyin "Bu seni bayon qildi-ku deyman" deb so'ragan edi. U odam shundoq dedi. Ibn Umar "Alloh burningni to'pig'i milivasson" dedi. Ondan Hazrat Ali to'g'riliq so'radi. Ibn Umar Alining yaxshi ishlarini so'zlab berdi. Ali mana shundoq odam edi. Uning uyi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hujurlarining o'ttirisi edi. "Buum seni bayon qildi-ku deyman" degan edi. U odam shundoq dedi. Ibn Umar "Alloh burningni to'pig'i milivasson, ko'zimdan yo'qolib, men qarshi qo'lingdan kelganini qil" dedi. İmam Buxariyning 3690-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir padichi qo'ylarini yo'qotdi. Bir bo'ri uchtum tujum qilib qo'ydan bilan elib qochdi. Padichi bo'rining keynidan qo'lab berib qo'yini qutqizib olgan edi. Bo'ri padichiga burilib,
Bununla menden tartib aldың. Menden başqa padış qalmaydigan 7 kunda, yani qiyomat yaqinlashganda qo'ylarni kim qo'g'laydi dedi. Bunu algan kişiler subhanallah böğrüm sözlemdi deyişti. Peygamber aleyhisselam bununla men işinimen Ebu Bekir bilen Ömer'im işindi dedi. Bu sorunda Ebu Bekir bilen Ömer yok idi. İmam Buxari'nin 3663. numaralı hadisinde mundaq kelgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi ağır yük artılgan kalını eydep ketiyotatdi. Kalı onunğa burilip, men bunun yani yük taşısh üçün emas, belki yer agdırış üçün yaratılgan dedi. Degan edi, kişiler subhanallah kalım gap kılamdı deyişti. Peygamber aleyhisselam men bunun işini men Ebu Bekir bilen Ömer ikisini işini dedi. İmam Buxari'nin 3471. numaralı hadisinde mundaq kelgan. Bir kişi kalını menip ketiyotib urgan edi, kalı zoğan kelip, men menish kertilgan emas dedi. Davamı yuqorqi hadisga o'xshash. Bu rivoyatda yana mundaq kelgan. Peygamber aleyhisselam men bunun işini men Ebu Bekir bilen Ömer'im işindi dedi. Bu ikisi u sorunu yo'q edi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Peygamber sallallohu alayhi ve sellem mundaq degan. Yuqori martabalik jannat ahlini ulardan tövendikler ko'rib turadi. Xuddi sizlar ufuqdagi nurli yulduzlarni ko'rgandek ko'radi. Abu Bakr bilan Umar shulardan, ya'ni yuqori martabaliklardan, hatto texim yuqorida bo'ladi. Tirmizining sahih rivoyatida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning yanida edim. Abu Bakr bilan Umar chiqib keldi. Peygamber aleyhisselam bu ikisi cennet ahli ishida peygamberlerden başka ilgirki ve keyingi ümmetlerinin qirallarının sirdarlarıdır. Ey Ali bunu olarak aytmag'in dedi. Abu Davud'un sahih rivayetinde Muhammed ibn Anafiyyadan bundaq rivayet kılındı. Men dadamdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qalsa kim en yaxshi deb so'ragan edim, o Abu Bekir dedi. Ondan qalsa Ömer, ondan qalsa deb so'radim. Ammo uning Osman deyishidan ansirab, ondan qalsa sen shundaqmi degan edim, o men faqat musulmonlardan biriman dedi. İbn Majah'ning Hasan rivayetida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Özlerining musulmonligini tunji oshkor qilganlar 7 kishi bo'lib, ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, Abu Bakr, Ammar, uning onasi Sumayya, Suhayb, Bilal va Miqdad qatorliqlar. Alloh taolo Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uning tog'asi Abu Talibning himoyasida qo'ydi. Abu Bakrni qavmining himoyasida qo'yib qoldi. Qilganlarga kelsak, mushriklar ularni tutib olib, putqonlarga temir ishkallarni taqab, quyoshning qiziq taptida qiynadi. Mushriklarning eng og'ir qiyin-qisoqlarga duchor bo'lgan kishi Bilal edi. Bilal bo'lsa, jinini Alloh yo'liga otib etgan edi. Uning qavmi bo'lmag'achqa, mushriklar uni baq qattiq qiynadi. Hatto bolalarning orasiga elib, Makkachilarni aylantirdi. Sazoy qildi. U bo'lsa, birdir deb Allohning birligini jakarlaydi. Şunun bilan sahabelerning o'rtaq fazilatlarini o'qib bo'lgan bo'ldik. O'sha kitob tupalarni sahih hadislar kelgandan o'qib bo'lgan bo'ldik. Sahabelerning fazilatlari qancha o'qsak ham tugamaydi. Alloh hammamizni sahabelerning fazilat amallarını o'rganishga nasib qilsin. Kelar qatimda Alloh xolisa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning fazilatlarini o'qiymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Esqirnaşlar anlavatqınlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zavaid namı kitabının 8. tomu. Bugün anlaydığınlar Ebu Bekir Siddiq radiyallahu anhu'nun faziletleri. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Aişe radiyallahu anhadan mundaq rivayet kılındı. Bir günü Ebu Bekir radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qışığı kirgen idi. Peygamber aleyhisselam onunğa sen Allah'ның etiqi, o'tdan azat qılınğan adamısan dedi. Ebu Bekir şu günden tatip etiq deb ataldı. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Ebu Bekir'den başka bizge yardım kulunu sunanlarının emmisini mükafatladık.
Abu Bakrni bolsa Alloh taolo qiyomat kuni o'zi mukofotlaydi. Hech kimning meli menga Abu Bakrning pul meldik asqatmadi. Men birini do'st tutmoqchi bo'lsam, albatta Abu Bakrni do'st tutgan bo'lardim. Bilinglarki, faqir Allohning do'stidir men. İmam Buxariyning 3666 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki Alloh yo'lida qo'shlab sarf qilsa, u jannatning eshiklaridan "Ey Allohning bandasi, bu yer bakmi yaxshi" deb chaqiriladi. Kimki namoz ahli bo'lsa, namoz ishkidan, jihad ahli bo'lsa, jihad ishkidan, sadiq ahli bo'lsa, sadiq ishkidan, ro'za ahli bo'lsa, ro'zining rayyan degan ishkidan chaqiriladi dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kishining birlik ishikdan chaqilish shartmi, ya'ni bir kishining hamma ishikdan chaqilish mumkinchilik yo'qmi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Bakr, bor, men sening shularning qatoridan bo'lib qolishingni umid qilaman" dedi. İmam Müslimning 1028-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Bugun qaysinglar ro'za tutdinglar" deb so'ragan edi. Abu Bakr "Men" dedi. "Qaysinglar jinozamizga qatnashdinglar" deb so'ragan edi. Abu Bakr "Men" dedi. "Qaysinglar bir miskinga taom berdinglar" deb so'ragan edi. Abu Bakr "Men" dedi. "Qaysinglar kasal yo'qildinglar" deb so'ragan edi. Yana Abu Bakr "Men" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom kimki mushu ishlarni bir kunda qilgan bo'lsa, jannatga kiradi dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam munbarda o'tirib, Alloh taolo bir bandiga dunyoning noz-ne'matlaridan xohlagancha bahramand bo'lish yoki o'zining dargohiga aytgan noz-ne'matlarni tanlash ixtiyorligini bergan edi. U banda Allohning dargohiga aytganini tanladi dedi. Abu Bakr: "Ey Rasululloh, ota-onalarimiz san fido bo'lsin" degan edi. Hammaylar hayron qoldik. Ba'zilar bu mo'ysibning so'ziga qaramamdigan Payg'ambar alayhissalom bizga Alloh taoloning bir bandiga dunyoning noz-ne'matlaridan xohlagancha bahramand bo'lish yoki o'zining dargohiga aytgan noz-ne'matlarni tanlash ixtiyorligini berganligi to'g'riliq so'zlab beribsa, u qilib ota-onamiz san fido bo'lsin da'vatidir deyishdi. Aslida tanlash ixtiyorlik bilgan kishi Payg'ambar alayhissalomning dal o'zi bo'lib, Abu Bakr buni bizdan burun tushunib bo'lgan ekan. Payg'ambar alayhissalom mayli amroh bo'lish yoki mol-mulkni taqdim qilish yatdi bo'lsin, insonlarning ichida Abu Bakrdan eng minnatdorman. Agar do'st tutgan bo'lsam, Abu Bakrni tutgan bo'lardim, lekin aramizda islom qarindoshligi bor. Masjid ichiga ochilgan eshiklarni taqotinglar, ammo Abu Bakrning ochiq qolsin dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Zayd ibn Aslam dadasidan rivoyat qiladi-ki, u Umar ibn Xattobning mundaq deganligini anglagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni sadaqat qilishga buyurdi. U kunlarda qo'l ilkimizda xil ko'p mol bor edi. Ichimizda bugun Abu Bakrdan o'tib ketishning birdan-bir fursati dedim. Melimning yerimni elib keldim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Umar, oilangga bir nima elib qo'ydingmi?" deb so'ragan edi. Yana mushunchalik elib qo'ydim dedim. Ko'p o'tmay Abu Bakr barliq meni elib keldi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Abu Bakr, oilangga nima elib qo'yding?" deb so'ragan edi. Abu Bakr: "Alloh va uning rasulini elib qo'ydim" deb javob berdi. Buni anglab Abu Bakrdan eshib ketishim mumkin emas ekan deb o'yladim. İmam Buxariyning 3661-numaralı hadisida Abu Darda radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida o'tiratdim. Abu Bakr kiyimini tizg'ish turgan holda aldirash yetib keldi. Payg'ambar alayhissalom: "Bu birodarlar biri bilan jidalashib qolgan o'xshaydi" dedi. Abu Bakr salomdan keyin Umar bilan aramizda azroq ko'ngilsizlik bo'lib o'tdi. Men ittiklik qilib qo'yib, keyin pushaymon qilib, undan kechirim so'rasam, u meni kechirayotgan unimidi, shunga sening huzuringga keldim dedi. Buni anglagan Payg'ambar alayhissalom uch qitim: "Alloh seni mag'firat qilsin ey Abu Bakr" dedi. Keyin Umar pushaymon qilib Abu Bakrdan kechirim so'rash uchun uyiga bordi. Abu Bakr uyda yo'q edi. Umar udul Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib salom qildi. Payg'ambar alayhissalomning chiroyidan g'azablanganligi chiqib turardi. Abu Bakr Umarga bir narsa bo'lib qolishdan ansirab tisilib o'tirib, qayta "Ey Rasululloh, Allohning nomidan qasamki, bu ishda men o'rinsizlik qildim" deb yolvordi. Payg'ambar alayhissalom Umarga: "Alloh meni sizlarga payg'ambar qilib avassa, sizlar menga yolg'on so'zlading dedinglar. Lekin Abu Bakr rost aytding" deb tasdiqladi.
U gah jinini, gah melini atab, "Maň ýerülek bolup geldi. Buradarimga nemiş azar bersizler" dedi. Peygamber aleyhisselamның bu sözden keyin hiç kim Ebu Bekir'e azar berip bakmadı. Ebu Davud'ның Hasan ve Sahih rivayetinde Abdullah ibn Zem'e radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesel bolup kalganda men qatarlıq bir top cemaat onun yanında idik. Bilal kilip Peygamber aleyhisselamni namazga çakırgan idi. Peygamber aleyhisselam bireylerini cemaat imam bolup beriş üçün çakırыңlar dedi. Sırtqı çıkıp qarsam Ömer turgan iken etrafta Ebu Bekir görünmeydi. Ömerge ibn Hattab cemaat imam bolgan dedim. U mihrabqa çıkıp namaz qıturdu. Ömer'nin avazı bekim jaranlık idi. Onun avazını anlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir qini Allah bunun razı bulmaydı. Musulmanlarımı unumaydı dedi. Şunun bilen Ebu Bekir çakırıp kelindi. Ömer salam bir bulgandan keyin Ebu Bekir namazını qaytadan okudu. Ebu Davud'ның Sahih rivayetinde mundaq kelgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'nin avazını anlap o yerden beşini çıkardı da açık bilen Yak Ebu Bekir imam bolsun dedi. Nesai'nin senedi Hasan rivayetinde Abdullah radıyallahu anhu'dan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vefatından keyin Ansariler bizden bir sizlerden bir halife bolsun dedi. Bunu anlayan Ömer radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ebu Bekir'ni cemaat imam boluş buyurganlygyn bilmemsizler. Qaysınlarının köngli Ebu Bekir'nin aldığı ötüşük unaydı dedi. Ular Ebu Bekir'nin aldığı ötüşten Allah sığınıp bana tileyimiz deyişti. İmam Bukhari'nin 716 numaralık hadisi de Ayşe radıyallahu anhadan mundaq rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesel tartıp yetip kaldı ve Ebu Bekir'nin buyruğunlar cemaat imam bolsun dedi. Ben Resulullah Ebu Bekir senin ornuna çıksa ayacandan yığı tutup avazını cemaat anlatılmaydı. Şunu Ömer'in imam boluş buyurgan bolsan degen edim. Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir'nin buyruğunlar cemaat u imam bolsun dedi. Ondan men efsage Peygamber aleyhisselamga Ebu Bekir senin ornuna çıksa yığı tutup avazını cemaat anlatılmaydı. Şunu Ömer'in imam boluş buyurgan bolsan degen dedim. Efsat degenimde kılgan edi. Peygamber aleyhisselam qattiq narazı bolgan kayfiyatda sizler Hazret Yusuf'ga iyileştirgen kutullarının öz ikensizler. Ebu Bekir'nin buyruğunlar cemaatga imam bolsun dedi. Şunun bilen efsa maňa sende yaxşılık görmeydigan okşayman dedi. İmam Müslim'nin 418 numaralı hadisinde mundaq kelgen. Bu vaqtda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge bir qancha qatim egzaştım. Bunda qilishimning sababi kishilar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayat vaqtida uning o'rniga o'tgan kishidan shumliq his qilib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafot bo'lgandan keyin xalq tarafidan yoqtirilmay qolishidan ansiraytdim. Shunga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning Abu Bakrdan voz kechishini umid qilatdim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlavatqanыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 8. tomu. Hazır anlaydığınızlar Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun faziletleri. İmam Bukhari'nin 3865. numaralık rivayetinde Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhumadan mundaq rivayet kılındı. Dadam Ömer Müslüman bolgan çağda müşrikler işgalda yığılıp Ömer atı boğusunun dinini yenipdi deyişti. O çağlarda men teği kiçik bola bolup özgü çıkıp algan edim. İpek ton kiygen bir adam kelip Ömer atı boğusunun dininden yenip alsın nim bopdu. Mana men onun amesi dedi. Şunun bilan müşrikler tarqılıp ketdi. Men bu kim dep sorgan edim. Maňa bu As ibn Vail buludu deyişti. Tirmizi'nin sahih rivayetinde İbn Ömer radıyallahu anhumadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Allah haqni Ömer'nin tıldı ve dilida qıldı. İbn Ömer mundaq degen. Müslümanlar birer mesele duch kelgende başqalar bir xil fikirni, Ömer başqa bir xil fikirni oturup qoysa, Ömer'nin fikri mezkur mesele haqqında nazil bolgan ayetlerinin hükmüge udul çıkıp qalatdy. İmam Müslim'nin 2398 numaralık rivayetinde Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. İlgirki ümmetlerde Peygamber emas turup ilham berilgan bazı kişiler bolgan edi.
Agar mening ummatimda shundaq biri bor deyilsa, shubhasizki Ömer shularning jumlasidandir. İmam Buxariyning 3863 numaralı rivoyatida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq dedi: Ömer musulmon bo'lgandan keyin biz musulmonlar kuchlanib ketdik. İmam Buxariyning 23 numaralı hadisida Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushimda kishilar bir-birlab oldimdan o'tkazildi. Hammasining ustida ko'nglik bor bo'lib, ba'zilarining ko'ngliga ko'kirkin ara yapsa, ba'zilarining uningdan sal uzroq edi. Umar ibn Xattobning oldimda o'tdi. Uning ko'yniki uzunligidan yerga so'rilib qolgan edi, dedi. Sahabelar: "Ey Rasululloh, bu nimaning bisharati? Ya'ni bu tushga qanday ta'bir berding?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Dinning bisharati", dedi. İmam Buxariyning 82-numaralı hadisida Ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushimda menga bir qancha sut keltirildi. Sutdan qanoq ichdim. Hatto sut tirnoqlarimning ostidan teshib chiqqudek bo'ldi. Ondan eshib qolganini Umar ibn Xattob berdim, dedi. Sahabelar: "Ey Rasululloh, bu nimaning bisharati?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom ilmning bisharati deb javob berdi. İmam Buxariyning 3664-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Tushimda o'zimni bir quduqning beshida ko'rdim. Quduqning beshida bir suvga yog'ochchilik turardi. Suvg'ini qo'limga olib, Alloh xohlagan miqdorda suv tortdim. Ondan suvg'ini Abu Quhafaning o'g'li, ya'ni Abu Bakr elib, bir yoki ikki qatim suv tortdi. U suvni kuchsiz tortdi. Alloh uning ojizligini mag'firat qilg'ay. Undan keyin suvga yo'g'nab ketdi. Umar ibn Xattob kelib suvg'ini qo'liga oldi. Men Umardek kuchlik va tez suv tortadigan azmatdan birini ko'rib boqmadim. Suvning qonig'icha ichgan musulmonlar aram olish uchun quduq atrofidagi o'tloqqa tarqaldi. Tirmizining sahih rivoyatida Burayda radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'azotdan qaytib kelganda bir qora cho'ra oldiga chiqib: "Ey Rasululloh, Alloh seni amon eson qaytarib kelsa, dab kelib naqsh etishga nazar qilgan edim", degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Nazar qilgan bo'lsang mayli, chalg'in, bo'lmasa chalmag'in", dedi. Shuning bilan u dab chelishga boshladi. Abu Bakr kirgan edi, u to'xtamay chelayverdi. Ondan Ali kirganda yana chelayverdi. Ondan Osmon kirgan edi, yana chelayverdi. Ondan Umar kirgan edi, dabni qo'ng'iq qo'yib o'ltirib oldi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom: "Ey Umar, sendan shaytonmi qo'rqitgan? Men o'ltirsam bu qiz deb cho'zishga boshladi. Abu Bakr kirdi, yana chelayverdi. Ali kirdi, yana chelayverdi. Osmon kirdi, yana chelayverdi. Sen kirding, dabni tashlavetdi", dedi. Tirmizining sahih rivoyatida Oysha radhiyallohu anha abashliklarning o'yinini rivoyat qilib deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men insi jin shayatinlarning Umardan qochayotganligini ko'ryapman degan. İmam Buxariyning 3294-numaralı hadisida Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana kirishga ijozat so'radi. Dal shu paytda Quraysh ayollaridan bir qanchasi Payg'ambar alayhissalomning yonida o'tirib, uningdan yuqori ovoz bir nimadan so'rayotdi. Ular Umarning ijozat so'ragan ovozini anglab, pardaning keyniga o'tilishdi. Umar radhiyallohu anhu ijozatdan keyin hujurga kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarining qilqiga qarab kulib o'tirdi. Umar: "Ey Rasululloh, Alloh seni umr bo'yi kuldirsin. Nimaga buncha kulib ketding?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Bu ayollarning qilqiga hayron qilyapman. Ular sening ovozingni anglab o'zlarini daldiq elishdi", dedi. Buni algan Umar radhiyallohu anhu: "Ey o'z nafsiga dushmanlik qilguvchilar, sizlar Allohning payg'ambaridan aymanmay, mendan aymanyotamsizlar", deb so'radi. Ayollar: "Shundoq, chunki sen payg'ambar alayhissalom qaraganda to'ng qo'pol odamsan", deb javob berishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Umar, jinim ilkit bo'lgan zotning nomidan qasamki, shayton sen bilan bir yo'l uchrashib qolsa, cho'qim boshqa tarafga burilib ketadi", dedi. İmam Buxariyning 402-numaralı hadisida Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: 3 ish haqiqatki so'zim Parvardigorimning hukmiga to'g'ri kelib qoldi. Birinchisi, men payg'ambar alayhissalomga: "Ey Rasululloh, maqomi Ibrohimni namoz o'qiydigan joy qilgan bo'lsak", dedim. Ko'p o'tmay, maqomi Ibrohim bar joyni namozgoh qilinglar degan oyat nozil bo'ldi. Ikkinchisi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga:
Ey Rasulullah, ayollaringning yana yaxshi yomon hamma odam kirib gap qilaveradigan, shun ularni hijoblanishga buyurgan bo'lsang dedim. Yana ko'p o'tmay hijob vaqtga oyat nozil bo'ldi. Üçüncüsü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayolları birleşip olib kundashlik qilganda ularga agar u sizlarni qo'yversa, Alloh taolo o'rninglarga sizlardan yaxshi ayollarni berishi mumkin dedim. Darvaqa bu vaqtda oyat nozil bo'ldi. Yana bir rivoyatda mundaq kelgan. Peygamber aleyhisselamның ayollaridan birining hujrasiga kirib nasihat qilgan edim. U menga: "Ey Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayollariga qilgudek nasihat qilmay, sen nasihat qilyapsan" dedi. Shuning bilan Alloh taolo: "Agar u sizlarni qo'yversa, Parvardigori sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi Allohning va Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning amriga bo'ysunguchi, Allohga va Peygamberga iymon etguchi, itoat qilguchi, gunohlardan tavba qilguchi, ibodat qilguchi, ro'za tutguchi cho'konlarni va qizlarni uningga berishi mumkin" degan oyatni nozil qildi. İmam Müslim'nin 2399 numaralı hadisida İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki, Ömer radhiyallohu anhu mundaq degan: "Üç türlük ish haqida aytganlarim Alloh taolaning hukmiga udul keldi. Biri maqam İbrahim, ikincisi hijab, üçüncüsü Badr g'azotidagi asirlar." İmam Malik'ning 1010 numaralı hadisida Yahya ibn Said mundaq degan: Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu yiliga 40 ming tugini uloq so'rab kelganlarga beratdi. Shomga boradigan bir odamga bir tuga, Iroqqa boradiganlardan 2 odamga bir tuga beratdi. Iroqlik bir odam kelib, "Suhaym ikkimizga uloq bergan" dedi. Ömer uning yil ishlatganligini sezib qolib, "Suhaym degan tulumg'u deyman" degan edi. U "Ha" dedi. İmam Buxariyning 3692 numaralı hadisida Mesver ibn Mahrama radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Ömer radhiyallohu anhu suiqasd kuchirganda qattiq azoblangan edi. Ibn Abbas uningga tasalli bergan ahangda: "Ey mu'minlarning amiri, beshinga kelgan ish qaramamdigan, sen Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yaxshamroq bo'lding, uning qarshi qilchilik xatolik o'tkazmading. Shunga Payg'ambar alayhi vasallam sendan rozi bo'lgan holda bu dunyodan ayrildi. Ondan Abu Bakrga shunday yaxshamroq bo'lding va uningga qilchilik yomonlik qilmading. Shunga Abu Bakr sendan rozi bo'lgan holda bu dunyodan ayrildi. Ondan sahobalarga shunday yaxshamroq bo'lding. Endi ulardan ayrilsangmi, cho'qim ular sendan rozi bo'lgan holda ayrilsan" degan edi Umar roziyallohu anhu. Mening Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yaxshamroq bo'lganligim va uning mendan rozi bo'lganligiga kelsak, bu Allohning men qilgan ne'mati. Abu Bakrga yaxshamroq bo'lganligim va uning mendan rozi bo'lganligiga kelsak, bu Allohning men qilgan ihsoni va in'omi. Lekin sen va amrohlaringdan ansab turganligim uchun azoblanyapman. Allohning nomi bilan qasamki, ziminga liq kelgulik oltinim bo'lgan bo'lsa, Allohning azobi kelishdan burun u azobdan qutulish uchun barliq oltinimni Alloh yo'lida sadiq qilayotgan bo'lardim dedi. İmam Müslim'ning 2389 numaralı hadisida İbn Mulaykadan rivoyat qilinadi ki, u Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini anglagan. Ömer tağut qo'yildi. Kishilar uningga duo qilishdi. Tağut ko'tarilmay turibla namoz tushirildi. Men ularning ichida edim. Birining qo'lini me'ramga qo'yishi bilan cho'chib orqamga qaradim. Ali ekan. U Ömerga chaqirgan holda mundaq dedi: "Allohning nomi bilan qasamki, Alloh taolo sening amalingdek amal bilan muloqot bo'lishini to'lim orzulayman va Alloh taoloning sening ikki amroying bilan birga qilishini umid qilaman. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning men Abu Bakr va Umar uchimiz birga mangdiq. Men Abu Bakr va Umar uchimiz birga chiqdik. Men Abu Bakr va Umar uchimiz birga kirdik" deganini ko'p anglaytdim. Alloh taoloning seni ular bilan birga qilishini umid qilaman va shunday qilganligiga cho'nqur ishonaman. İmam Buxariyning 3915 numaralı hadisida Abu Burda ibn Abu Musa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mendan dadam Umarning dadang Abu Musaga nima deganligini bilamsan deb so'radi. Men yo'q bilmayman degan edim. U mundaq dedi: "Dadam dadanga: Ey Abu Musa,
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida aytgan imonimiz, uning bilan qilgan hijrat, jihadlarimiz va ilgari qilgan barliq yaxshi amallarimiz bizning oxirat ajr elishimiz uchun qoldirilib, Payg'ambar alayhissalomdan keyin qilgan barliq yaxshi amallarimiz, qilgan gunohlarimiz o'dilinib ketsa, bu seni xush qilamdi degan edi dadang Abu Musa. Allohning nomi bilan qasamki, biz Payg'ambar alayhissalomdan keyin ko'p jihad qildik, namoz o'qidik, ro'za tutdik, nurg'ulg'an yaxshi amallarni qildik. Nurg'un kishi bizning qo'limiz musulmon bo'ldi. Biz cho'qim shu amallarimizning ajrini umid qilamiz dedi. Dadam, lekin Umarning jini ilkida bo'lgan zot bilan qasam qilamanki, men shu yaxshi amallarimiz bizning oxirat ajr elishimiz uchun qoldirilib, uningdan keyin barliq yaxshi amallarimiz, gunohlarimiz o'dilinib ketgan deyman dedi. Men Ibn Umarga Allohning nomi bilan qasamki, dadam Umar, dadam Abu Musadan yaxshi edi dedim. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulayman Mag'ribiyning Jamul Fawaid min Jami'ul Usul va Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Bugun o'qiydiganimiz Osman radhiyallohu anhuning fazilatlari. İmam Müslimning 2402 numaralı hadisida Aisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom yepinchamni yapgan holda mening o'rnimda yotatdi. Abu Bakr kelib hujraga kirish uchun ijozat so'radi. Payg'ambar alayhissalom ijozat berdi. Abu Bakr kelib ishini tugatib chiqib ketdi. Ondan Umar kelib ijozat so'radi. Uning ijozat berdi. U mu kelib ishini tugatib chiqib ketdi. Ondan Osman kelib ijozat so'rgan edi. Payg'ambar alayhissalom darhol o'zini tuzashtirdi. Menga usti beshingni tuzashtirib kiyimlaringni o'ngshig'in dedi. Ondan Osman kirib ishini hal qilib chiqib ketdi. Men Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Rasululloh, Abu Bakr bilan Umar kirsa joyingdan medirlamading? Osman kirsa jiddiyalashib ketding-ku" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Osman bek uyatchan odam, u meni bu holatda ko'rgan bo'lsa, ajisini aytishdan voz kechgan bo'ladi. Shunga o'zimni tuzashtirib o'ltirdim" deb javob berdi. Yana bir rivoyatda farishtalar ayo qiladigan odamdan men ayo qilmamdiman deb kelgan. İmam Buxoriyning 3698 numaralı hadisida Osman ibn Mavhabdan mundaq rivoyat qilinadi. Hech qilishga kelgan Misrlik bir odam Ka'baning yanında o'tirgan bir to'p kishini ko'rib, "Bu o'tirganlar kim?" deb so'ragan edi. Ular Quraysh deb javob berishdi. U odam ularning oqsoqoli kim deb so'radi. Uningga Abdullah ibn Umar deyishdi. U odam: "Ibn Umar, sendan bir ishni so'rayman." Menga javob bergin. Osmanning Uhud g'azosidan qochganligini bilamsan dedi. Ibn Umar: "Ha, bilaman" dedi. Uning Badr g'azosida qatnashmaganligini bilamsan deb so'radi. Ibn Umar: "Ha, uni bilaman" dedi. U Rizvon bay'atiga qatnashmadi shundaqmi deb so'radi. Ibn Umar: "Ha, shundaq" deb javob berdi. U odam Allohu akbar deb takbir to'ladi. Abdullah ibn Umar u odamga yanıma kelgan, uning nimishqa bu muhim ishlarga qatnashmoqligini tushuntirib qo'yay dedi va tushuntirishga boshladi. Osmanning Uhud g'azosidan qochqani rost, lekin guvohlik beramanki, Alloh taolo uning bu qilmishini mag'firat qilib etgan. Badr g'azosida qatnashmoqligining sababi shu: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizi Ruqiya uning nikohida bo'lib, Ruqiya og'ilib qolgan edi. Shunga Payg'ambar alayhissalom Osmanni qo'shindan qoldirib, "Sana Badr g'azosida qatnashgan kishidek ajr va g'animat beriladi" dedi. Endi uning Rizvon bay'atida qatnashmoqligining sababiga kelsak, agar Makka tavallikida Osmandan azizroq birisi bo'lgan bo'lsa edi, Payg'ambar alayhissalom shuni Makkaga avatgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Osmanni Makkaga avatib etgandan keyin boshqalardan Rizvon bay'at oldi. Lekin Payg'ambar alayhissalom o'ng qo'lini so'l qo'lining ustiga qo'yib turib, "Mana bu Osmanning qo'li, bu bay'at Osman uchun" dedi. Oxirda Ibn Umar tegishli ma'lumotlarni aytib berdim. "Endi ketsang bo'ladi" dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abdurrahman ibn Samura radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azoti uchun qo'shin tayyorlagan edi. Osman radhiyallohu anhu 1000 dinar oltin olib kelib, Payg'ambar alayhissalomning oldiga qo'ydi. Men Payg'ambar alayhissalomning dinarlarni quchqa qo'yib, o'rib cho'rgan holda 2 qatim, bugundan tartib hech bir ish Osmonga ziyon yetkazolmaydi deganligini angladim.
Tirmizining Hasan rivoyatida Sumama ibn Hazan al-Qurashi mundaq degan: Kishilarning Osmonning uyini qurishib olganligini ko'rdim. Osmon, "Manga suiqasd qilish uchun sizlarni to'plagan o ikki odamlarni chaqiringlar" dedi. U ikkisi chaqirildi. U ikkisi xuddi tugidek yoki eshakdek ko'rinadi. Hazrat Osman ularga bir nazar tashlagandan keyin, "Men sizlardan Allohning nomi bilan so'raymanki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganda Ruma quduqining suyidan boshqa ichkidak tatliq suv yo'q edi. Payg'ambar alayhissalom kim Ruma quduqidan setib olib, uni musulmonlarga otib etsa, jannatda uningga ajr berildi deganda, men uni o'z pulimga setib olmadimmi?" deb so'ragan edi. Ular shundoq deyishdi. Osman radhiyallohu anhu yana: "Sizlardan Allohning nomi bilan so'raymanki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Umar va men Makkadagi tog' ustida turganimizda tog' silkinib ketib, toshlari dumlashqa boshlagan edi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom tog'ni tepib turib, jim turg'in, ustingda bir payg'ambar, bir siddiq va ikki shahid bor demaganmidi?" deb so'ragan edi. Ular ha shundoq degan edi. Şunun bilan Osman radhiyallohu anhu Allohning nomi bilan qasamki, bular menga guvohlik berdi, men shahid bo'laman deb 3 qatim to'lidi. Tirmizining sanadi Hasan rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir fitnani tilga olib, uningda Osman radhiyallohu anhuning zulmiga uchrab o'lib ketganligini bayon qilgan. İmam Buxariyning 3696-numurluq hadisida Ubeydullah ibn Adi ibn Xiyardan mundaq rivoyat qilinadi. Mesvar ibn Mahrama bilan Abdurrahman ibn Asvad ibn Abd Yag'us ikkisi menga nima uchun Osmonga uning ana bir qarinishi Valid to'g'riliq gap qilmaysan? Xalq uning ustidan ko'p shikoyat qilyotidi dedi. Shuning bilan Osmonning masjidga chiqishini kutib turib, uningga "Sen bilan azroq ishim bor. Aslida sana nasihat qilmoqchi edim" degan edim. U: "Ey inson, Allohga sig'inib sendan panoh tilayman" dedi. Men Osmanning huzuridan chiqib, u ikkisining yana qaytib bardim. Keynimdan Osmanning elchisi kelib, Osmanning meni chaqirayotganligini aytdi. Qaytib barsam, "Qandoq nasihating bor edi?" deb so'radi. Men: "Alloh Muhammadni haq payg'ambar qilib avatdi va uning Qur'onni nozil qildi. Sen payg'ambarning chaqiriga ovoz qo'shib 2 qatim hijrat qilding. Payg'ambar alayhissalomga amroh bo'lib, uning tutgan yo'ldan mangding. Lekin kishilar Validning ustidan ko'p fikr qilyotidi, chunki u aroq ichadi" desam, Osman: "Sen payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rganmi?" deb so'radi. Men: "Yo'q, lekin uning ilmidan menga ro'pash qizga yetganchilik yana oz bo'lsin yetdi" deb javob berdim. Osman: "Endi maqsadga kelsak, Alloh Muhammadni haq payg'ambar qilib avatdi. Sen aytgandek, men payg'ambar alayhissalomning chaqiriqiga ovoz qo'shib 2 qatim hijrat qildim va payg'ambar alayhissalomga amroh bo'lib uningga bay'at qildim. Uningga biror qatimmi bo'yintovliq qilib boqmadim, xiyonatmi qilmadim. Ondan Abu Bakrgami, Umargami shundoq qildim. Ulardan keyin xalif bo'lib saylandim. Ajba, ularning qanday huquqlari bo'lgan bo'lsa, mening sizlarning ustinglarda shunday huquqim yo'qmi?" dedi. Men: "Albatta bor" dedim. U: "Amsa nimishqa bunchalar so'z qilsizlar? Validning ishiga kelsak, uning shar'iy hukmi nima bo'lsa, shu bo'yicha bir taraf qilamiz" dedi. Ondan Alini chaqirib, Validni qamchilashga buyurdi. Ali uni 80 qamchi urdi. İbn Majahning sahih rivoyatida Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir fitna to'g'riliq so'z qilib, uning pat yaqinda bo'lganligini aytib beryotdi. Dal shu paytda yenimizdan beshini yegib olgan bir odam o'tdi. Payg'ambar alayhissalom uni ko'rib, "U kuni bu odam hidoyat ustida bo'ladi" dedi. U Osman edi. Men o'rnimdan turib, Osmanning belidan tutib Payg'ambar alayhissalomning oldiga olib bordim va "Mushumu?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom "Ha" dedi. İbn Majahning sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anha mundaq dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrati Osmonga: "Ey Osman, agar kunlarning birida Alloh taolo sana bu vazifani, ya'ni xalifalikni berib, munofiqlar xalifalik ko'nglikini soldirmoqchi bo'lsa, ko'nglikni hargiz solmag'in" dedi va bu so'zni 3 qatim takrorladi. Nu'man ibn Bashir: "Ey Aisha, buni nimishqa insonlarga bildirmading?" deb so'ragan edi. Aisha radhiyallohu anha: "Unutib qoptiman" deb javob berdi.
Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, anglayotganinglar Muhammad ibn Sulaymon Mag'ribiyning Jam'ul Fawaid min Jami'il Usul ve Majmu'uz Zawaid nomli kitobining 8-tomi. Bugun o'qiydiganimiz İmam Ali radhiyallohu anhuning fazilatlari. Tirmizining sanadi sahih rivoyatida Abu Hamza Ansari mundaq deydi: "Men Zayd ibn Arqamning eng dastlabda Ali musulmon bo'lgan deganligini anglagan. Amr ibn Murra mundaq degan: Men buni Ibrohim Naxaiga aytgan edim, u buni rad qilib, eng dastlab Abu Bakr musulmon bo'lgan dedi." İmam Muslimning 2404-numurluq hadisida Amir ibn Said ibn Abu Waqqasdan mundaq rivoyat qilinadi: Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhu Said radhiyallohu anhudan nima uchun Alini tillamaysan deb so'ragan edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali haqida aytgan 3 xislat yodimda bo'lgan, uni hargiz tillamayman. Ana shu 3 xislatning birining menda bo'lib qolishi men uchun qizil tugan bo'lishidan afzaldir. U 3 xislat mundaq: Payg'ambar alayhissalom bir g'azotga atlandi va Hazrat Alini o'z o'rniga noib saylab qo'ydi. Lekin Ali: "Ey Rasululloh, meni ayol bolalar bilan Madinada qo'yib qo'yamsan" degan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Musa uchun Harunning o'rni qandoq bo'lsa, men uchun sening o'rning shundoq. Sen buningga rozi emasmi? Afsuski mendan keyin payg'ambarlik yo'q" dedi. Xaybar kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bugun tug'ni shundoq birining qo'liga beramanki, u Alloh va uning rasulining do'stidir. Alloh va uning rasuli uning do'stidir" dedi. Hammamiz u tug'ni qo'limizga ilishga tirishdik. Ondan Payg'ambar alayhissalom: "Alini chaqiringlar" dedi. Alining ko'zi og'rib qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom muborak tükürkini uning ko'ziga surib qo'ydi. Shuning bilan Alining ko'zi saqayib ketdi. Alloh taolo Alining qo'li bilan musulmonlarga fatihni muyassar qildi. Kelinglar, o'g'illarimizni, o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning lanti yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yalvarib duo qilaylik degan oyat nozil bo'lgan chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali, Fatima, Hasan va Husaynlarni yana chaqirib, "Mana bular mening oilam" degan edi. Tirmizining Hasan rivoyatida Mubshi ibn Junada radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ali mendan, men Alidan. Men tuzgan ahdlarni faqat men yoki Alila ado qila oladi." İmam Muslimning 2405-numurluq hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi: Xaybar kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Bugun bu tug'ni Alloh va Allohning rasulining do'sti tutgan, Alloh va uning qulida musulmonlarga fatihni muyassar qilgan odamga beraman" dedi. Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Ana shu kuni amir qo'mondan bo'lib qilishimni bakma arzulab ketdim va Payg'ambar alayhissalom meni chaqirib qolarmikin degan umidda bo'ynimni u tarafga so'zdim. Lekin Payg'ambar alayhissalom Alini chaqirib, tug'ni uning qo'liga tutqizdi va qani atlan, Alloh sana fatihni muyassar qilmoqcha, o'ng so'lingga boqmagan" dedi. Ali atlandi. Azroq ma'gandan keyin to'xtab, orqaga burolmayla: "Ey Rasululloh, ular bilan nima maqsad urush qilaman" deb to'g'lagan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga va Muhammadning Allohning bandasi va elchisi ekanligiga shahodat keltiruvchi urush qil. Agar shahodat keltirsa, sendan ham jonlarini, ham mollarini qutuldirib qoladi, ammo islomning haqqidan qutulolmaydi. Qolgan hisobni Alloh oladi" deb javob berdi. Tirmizining sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjid ishiga ochilgan eshiklardan Alining eshigidan boshqasini taqotishga buyurdi. Nasaining sanadi sahih rivoyatida Abdullah ibn Burayda dadasidan mundaq rivoyat qiladi: Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumalar Fatimaga uylanmoqchi bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkilisiga u tek kichik deb javob berdi. Lekin Ali radhiyallohu anhu elchi kirgizgan edi. Payg'ambar alayhissalom qizi Fatimani uningga yotliq qildi. Tirmizining sanadi Hasan rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'ini çağırıp sure tevbini başkalarına tebliğ kılış için tapşırdı. Ondan onu qaytırıp gelip, "Buni tebliğ kılış fakat mening ailemden biriga xos" dedi ve Ali'ni çağırıp sureni onunğa tapşırdı. Tabaranining Ba'zilardagi raviylar ishonchli rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ey Ali, kim mendan ayrilsa, Alloh uningdan ayrildi. Kim sendan ayrilsa, u mendan ayrilgan bo'ladi." Tabaranining Al-Kabir'dagi raviylari ishonchli rivoyatida Yahya ibn Bukayr mundoq degan: Ali radhiyallohu anhu Hijrining 40-yili Ramazon oyining 17-kuni shahid qilindi. Tabaranining Al-Kabir'dagi raviylari ishonchli rivoyatida Abu Bakr ibn Abu Shayba mundoq degan: Ali radhiyallohu anhu Hijrining 40-yili shahid qilindi. Uning xalifalik muddati 5 yil.